Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz muhterem qarindoshlar. Bugün ciddi bir programma o'rinlashtirishga majbur bo'ldik desak mi bo'ladi yoki o'rinlashtirdik desak mi bo'ladi. Ekranda Sharq Turkiston sürgün hükümetiniki Prezident Ahmetcan Osman efendim teklifimiz bilen bugün bir ochiqlama berish ve xalqimizga bu qitimliq Sharq Turkiston sürgün hükümeti ve hükümet içindeki parlament içinde yuz bergan bu kriz meselesida xalqqa bir ochiqlama berib o'tishni maqsad qilib bu ekronni ochdik. Yani nima uchun bu programmani qildik? Ciddi. Birincisi hükümetler içinde veya teşkilatlar arasında veya teşkilatның özünün heyetleri içinde davamlı kriz bo'lib turadiganligi, bu krizisni to'g'ri usulda hal qilishga tirishsak bo'ladiganligini xalqimizga bildirish. Çünkü bundan burun bazı teşkilatlar içinde, heyetler içinde krizler yuz berdi. Rehberler içinde krizler yuz berdi ama xalqimiz pek rahatsız bulduk. Ve asman öğrilip düşkendeki haletmi şekillendi. Hammalarga ma'lum nurg'un davlatlarning parlamentlarida, nurg'un davlatlarningki kabinet, ichki tashqi heyet a'zolari ichida masalan nurg'un urush talash, bir-biriga qurol ishlatish, hatto har turli urush jidalning bo'lganligini biz nimalardan ikrorlardan ko'rib turamiz, ammo bizning Uyg'ur xalqining ichidagi rahbarlarning ichida kriz yuz berganda va urush talash yuz bergan vaqtida bizda udiqish yuz berdi. Buningdan keyin balkim yuz berishi mumkin bunda krizislar. Bu krizislarning hal qilish chorasini tepish uchun va bunda krizis urush jidallarning bo'lib turadiganligini bildirish uchun biz jiddiy shaklda bu programmani o'rinlashtirdik. Ikkinchi maqsad, biz yangi bir davrga bat echyapmiz. Yani hammaylar Uyg'ur muhojirlari desak bo'ladi, yangi bir davrga, yangi bir tashkilotchilikka, yangi bir partiyachilikka, yangi bir ichilishga, yangi bir mujodilaga bet ochdik. Uning uchun kimning kim ekanligini bilib olaylik. Ahmetcan Osman kim? Boshqalar kim? Mayli Ahmetcan Osman efendim qarshi chiqqan kishilar bo'lsin, u kim? Yoki bugungi tashkilot rahbarlari kim? Rabia Hanım kim? Dolqin Isa kim? Seyit Tumturk kim? Bularni bilaylik ki ekran orqali xalqimiz bilan quchoqlashsin, xalqimiz bilan davomli yuz ko'rishib tursin. Buningdan keyin hech kim bilmaydigan, hech kim tonimaydigan, xalq uchun hech xizmat qilib boqmagan insonlarningki chiqib o'zini har xil nomlar bilan atab bizga rahbarlik qilish huquqining bo'lmasligiga yo'l ochish uchun rahbar bo'ladi ekansiz, ekronga chiqsiz, xalq bilan ko'rishsiz, o'zingizni ochiqlaysiz, xatolik bo'lsa ustingizga olasiz. Ushqchilik bo'lsa baholanasiz va taqdirlanasiz. Buningdan keyingi mujodila hayotimiz bu. Yani buningdan keyin mana mushundaq tashkilotchilik, mushundaq mujodila ilib boramiz. Buningdan keyin Xitoyga qarshi ko'rishimiz mushundaq bo'ladi degan maqsadda bu fikrni ochdik, aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum. Ahmetcan Osman efendim, ikranımıza hoş geldiniz. Allah razı olsun. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş bulduk. Özünüz obdanmı yaxşı geldiniz. Rahmet. Ben texniklik meselesiga bir qarab etgandan keyin hemen so'zni o'zlarga beraman. Herhalde ovozim yaxshi chiqayotgan bo'lishi mumkin. Ammo meningki telefonimda toza yaxshi ko'rinadi. Yani ciddi bir kriz yuz berdi. Parlament ta'qib etildi ve parlamentninki qarshiligi bilan sizning ustingizdan bir qarornoma ilindi. Asosiy masala bu, ammo buni bo'lishdan burun Sharq Turkiston sürgün hükümetining tashkiliy tuzilmasini sizdan biroz anglab baqsaq deyman. Shundan boshlasak. Endi Sharq Turkiston sürgün hükümetinin teşkili tuzilmasi meselesi bizden hazırlıklı şu siz atılan krizisqa münasebetlik yerini desek
Şarkı Türkistan sürgün hükümeti parlamentinin sürgündeki yani muhaciretteki parlament azalarının sani en az bolganda 60 buluş gerek. Yani 60'tan az boz olmaydı. Bu şartı var. O Şarkı Türkistan Cumhuriyeti Asas Kanunu'ndaki 17. maddesi da ta'kidlangan bir şart. Lekin bizdeki hazırki parlamentimizdeki sani 60 kilim tulan. 2015 yılı Tokyo'da açılgan 70 nöbetlik sayılamada Şarkı Türkistan Sürgün Hükümeti parlamentinin o saylamda tahminen 30'ga yakın adam katlaşkan ve bu 30 yakın adam 7. nöbetlik saylamınki parlamentini teşkil kılan. Bu 30 adam ta bugün kadar köpeymi. Azaydı ki köpeymi. Şuna asası kanunun 17. maddesideki 60'tan az bolsa bolmaslık şartı bilen deyilgen bu parlament ta bugünkü kadar özününki rolünü jalıyla kıldıranmagan hem özününki parlamentki azalarının sanını asas kanunun 17. maddesinde ta'kidlangan 60 en az bolganda 60 degan muş sanga yetkizilmegen bolganlar üçün ve şundakla meningki davamlı şu parlament azalarını köpeytiş, kengeytiş, tekliflerimden davamlı ret kılınganlığı üçün ben bu parlamentni tarqitishga mecbur bulup bu kararını çıkardım. Yani hozir men qaror masalasi to'g'risida men birozdan keyin to'xtalayman. Ya'ni sizlarniki nima uchun taqib etganlik to'g'risida uni tafsili. Ba'zan narsalarni bir og'iz gap bilan tushuntirib bo'lmaydi. Ya'ni bu yerda hozirgi mavjud bo'lgan ya'ni aslında 60 ga yetish va undan ustun bo'lish kerak edi dedilar. Ammo hozirgi mavjud bo'lgan kishilarningki ismini tilga olsak bo'lamdi. Ya'ni palonchi, po'konchi bor buningda. Yani bu tilga ağılı bulundu. Elbette hazır mesela hükümet kabineti diki kişiler başka parlament başka bir organ. Lakin elbette hükümet kabinetindeki kişiler parlament azası hesaplanıyor. Şahsen ben mesela bir Şarkı Türkistan Sürgün Hükümeti'nin prezidenti salayetinden başkayla menimki şu Şarkı Türkistan Sürgün parlamentinin bir azası salayetim var. Yani şunda bolganda endi biz bu yerdeki kabinet olamdı ya bo'lmasa parlamentdeki azalarning sonini hozir men ismlarini to'liq bo'lmasin askar o'tishga kerak bo'lsa men sizga masalan parlament reisi Reşat Ataxan, parlamentning muavin reisi İlyar Şemsiddin, muavin prezident Xizrbek G'ayratullah, baş minister İsmail Çingiz, muavin baş minister G'ulam Osman Yag'ma ve şundaqla muavin baş minister Yaqubcan ve ministerlerden mesela Serkan, Yarmenler, Ablacan Leyla ve şundakla hükümetindeki bayanatçısı Mukaddes, Hanem, Katarlık dışında kişilerin ismini eskertip verelim. Endi ikkinchi savolga kelsak, ya'ni ba'zi qarindoshlar savolni deyishdan burun ba'zi qarindoshlarga ochiqlab bersam, bizning qarindoshlik studiyasi qarindoshlar suhbat o'tkazadi. Suhbatda menmi so'zlayman, qarshi tarafmi so'zlaydi. Meni boshqalar muxbir deb atab oldi, men bo'ladi deb xalqimning fikriga hurmat qilib hozirgacha tamom muxbir desanglar mayli dedim, ammo men muxbir emas, men bir suhbatchi. Agar programma sizning ko'nglingizdagidek bo'lmagan bo'lsa, uxlasanglar, aramasanglar bo'ladi. Bizning qarindoshlik studiyasi bu bir fikr taqitadigan, insonlarga haqiqatni so'zlaydigan, haqiqatning o'tirg'i chiqishiga sabab bo'ladigan bir organ bu. Bu
bu bir muxbir ichib olgan televiziya idorasi emas yoki televiziya kanali emas. Bu bir tashkilot, bu bir organ, bu bir o'ziniki yo'li bo'lgan, nishoni bo'lgan, maqsadi bo'lgan bir o'rin bu. Uning uchun bir qancha qarindoshlar menga fikr qilibdi, qabul qilaman, ammo bizni bilinglar, shaxsan meni bilinglar, men muxbir emas. Men boshqalar bilan o'xshash shaklda suhbat ilib boradigan bir qarindoshinglar. Shu suhbat orqali u suhbatni insonlarga bu kanal orqali qo'yib beradigan bir shaxs. Uning uchun bakchiq fikr so'zinglar bo'lib qolsa, sabr qilinglar. Agar sabr qilolmasanglar, fikrini taqab uxlab qolsanglar bo'ladi, aziz do'stlarim. Xo'sh. Ya'ni nima uchun buning ostida nima yotadi? Bu parlamentni taqib etishning ostida. Chunki birazdan oldida biroz javob berdi, ammo bak qisqa, bak kichik bir sabab bo'lib qoldi. Buni kichikkina tafsili degili bo'ladimi? Parlamentni taqib etishning sababi. Men ramkini kengaytib turib bir tushuntirib qo'yay unda olsa, Cumhuriyet her qanday Cumhuriyet, Sharq Turkiston Cumhuriyeti şunun içinde sürgünlükü. Prezidentlik sistemi, mesela baş ministerlik sistemi, yani parlamentlik sistemi, ananıkin yerin prezidentlik sistemi de müştak güçlü bölümüdür. Lekin bizning asos qonunida, Sharq Turkiston asosiy qonunida, Sharq Turkiston Cumhuriyeti asosiy qonunida mushu taraflar kam, to'liq, aniq moddalar bilan ko'rsatilmagan. Bunda chiqayotgan vaqtida bizningki asosiy qonunimizmi, Sharq Turkiston Cumhuriyetining asosiy qonunimi to'liqlashga noiti ehtiyojli bo'lgan nurg'un masalalar va to'liqlab qaytadan bir mukammal chiqadigan yoki mukammallikka yaqin yoki olib chiqadigan shunday xizmatlar kutib turadi bizni. Buning uchun parlament kengaytilishi, parlament oldi bilan o'zininki 17 moddasi bergandek 60 kishidan oz bo'lmaslik kerak. 60 parlament a'zosidan oz bo'lmaslik. Shunga parlamentni kengaytirish, to'liqlash orqali anandan keyin parlament orqali bizningki mush asosiy qonundagi ba'zi kam bo'lgan moddalarni, kam bo'lgan masalalarni, hal qilishga bo'lgan masalalarni hal qila olamiz. Parlamentning a'zolari to'liq bo'lmay turib, harakatchan bo'lmay turib, aktiv bo'lmay turib, bu masalalarni o'shig'ili hal qilib bo'lmaydi. Men 2015-yili prezident bo'lib saylanib, bugunga qadar 3 yil vaqt o'tdi. Bu 3 yil jarayonida bu masalalar zodlan hal bo'lmadi ve hal bo'lish emas, buni hal qilishning bir tunji qadamimi desinadi. Bu qadam bo'lsa-mu parlamentni kengaytirish, to'liqlash, parlament a'zolarini to'liqlash ve aktiv boshqarish. Bu bo'lmaganligi uchun mana oxirida bo'libmi hozirda bizning shu jiddiy vaziyamizda, vatanning shu jiddiy vaziyatida Sharq Turkiston hukumati parlamentimi noit aktiv holda xizmat qilish kerak edi. Bunda qilinmaganligi uchun bu parlamentni men tarqitib etish qarori bilan qaytadan xalq asosini kengaytgan asosda Sharq Turkistonliklarning muhojirat Sharq Turkistonliklarningki o'rtaq ishtirok qilish asosida ve tashkilotlarning o'rtaq qatnash asosida ko'lami cho'ng bo'lgan asosiy kuchli bo'lgan bir parlamentni tashkil qilgandan keyin bu parlamentdan yana kuchli funksiyasi mukammal joriy qildirg'ili bo'ladigan bir hukumatni barliqqa keltirishni qiladi. Shu maqsadda men bu parlamentni tarqitishni jakarladim. Ham yeni bir saylanma xalq umumiy xalq safarbarda qilingan bir saylanma chaqirdi. Yani hozir sizlar o'zlarining prezidentlik vazifasidan teqqanmilar? Yani şu huquq mengyotidi ve yana qaytadan parlament tashkillamoqchisizlar. Yani bu gapning tagida bu chiqadi. Hamdi
To'g'ri, albatta bizningki asosiy qonunda men abay deb o'tgandek nurg'un masalalar eskartilmagan, qonunlashtirilmagan, moddalashtirilmagan bo'lganligi uchun hatto shundaq bir prezidentning Sharq Turkiston surgunining prezidentining parlamentni, ya'ni surgundagi Sharq Turkiston davlati prezidentining Sharq Turkistonning surgundagi parlamentini tarqitib etishdan iborat bundaq bir aniq modda yo'q asosiy qonunda. Lekin devletlerde biz hemimiz biliriz, cumhuriyet sistemindeki devletlerde olan da, yarım cumhuriyet sistemindeki cumhuriyetlerde, devletlerde olan da ciddi vakitlarda ve parlament özününki hizmetini, özününki rolünü cari kıldıranmayan vakitlarda prezidentinin bunda parlamentini takip edip kayıtıdan sayılanma seferber kılış hukuku bulundu. Ben aşı hukuku yapıyorum. Yani bunun asas parlamentni takip etishda asas birdan-bir sebep şu bu parlament a'zolarini kengaytish, yani 3 yildan beri buningda bir aktiv bir kengayish va yoki bir xizmat qilish ishlariniki nihoyat passiv shaklda mengayotganligiga qarshi sizlar bu qadamni tashlashga majbur bo'ldilar yoki bu qadamni tashlaydilar degan gap. Xo'sh. Endi ben bir misal vereyim sizga. Mesela ben Japonya'ya berişten burun, bir şikayetli burun. Mesela birisi, yani bizden bir inkılapçımız, hazır vatan sırrı yaşayan, hem vatan işinde mi uzun müddet inkılap kılan, türmelerde yapan bir inkılapçımız, Şarkı Türkistan sürgün hükümetiyle parlament azası bulup kiriş iltimasını sundu. Hem şu parlament azası bulup hükümetimizden parlamentoga kirişke bel bağlap, irade bağlayan dışında bir adam sırt kaldırıldı. Mesela parlamentin kabul kılınmadı. Parlament tarafından bu kişininki parlament azalık iltiması kabul kılınmadı ve sırt kaldırıldı. En adli bir misal sizinle. Hem de biz muşundak ahvalda bu parlamentini kandak toluklayımız. Hazır parlament Şarkı Türkistan sürgündeki parlamentin azalarını, hazır aktif azalarını, yani men bildiğin azalarını sizin sanay desem, ondan başka zaman mı? Lekin en az olganda 60 parlament azası boş gerek. Bu asas kanundaki bir madde hem de. Şuna bu parlament kanunsuz bulunur. Bundak da olmaz. Elbette ben bu parlament a'zolari bilan ko'rishishga tirishib boqdim, ammo vaqt nihoyatda jiddiy kelib qoldi. Ishkironimizda bizningki telefon nomerimiz bor aziz qarindoshlar, ya'ni Uyg'ur qarindoshlik studiyosininki naq maydon telefon nomeri. Ahmadjon Osmon apandimning parlamentdan, ya'ni prezidentlikdan qoldirilish qarorini olgan qarindoshlar herhalde aslında bir qancha nafar qarindoshlar bada qiladi. Naq maydonga telefon qilsanglar bo'ladi, har qanday so'zinglar bo'lsa o'tirib qo'ysanglar bo'ladi. Chunki ba'zi qarindoshlar qabul qilmaymi qoladi bu ikronimizga chiqishga, ammo telefon qilib bu ishlarni ochiqlab bersak bo'ladi. Chunki buning keyinda bir oldimizda bir xizmat qilaman deyotgan bir kishi bor. Balki matogin yana parlament tashkillashi mumkin va saylam o'tkazishi mumkin. Şun her narsa ochiq bo'lib ketsa, insonlarni ochiq bilsak, kim bo'lsin, Husayn Tejalli kim, Ahmadjon Osmon kim, boshqa rahbarlar, her kimni biz bilaylikki bundan keyin to'g'ri yo'lda mangayli da'vatimiz qarindoshlar. Şun naq maydonga telefon qilib, qanday so'zinglar bo'lsa desanglar bo'ladi. Ahmadjon Osmon apandim bunga ochiqlama berdi. Va yoki bugun shu Sharq Turkiston sürgün hukumatining parlament a'zolari bu naq maydondan ko'rayotgan bo'lsa, yuraklik holda qaroringlar olgandan keyin naq maydonga telefon qilib o'zi desanglar ya xalqimiz oldida har narsa ochiq bo'lib ketsa bo'ladi. Bu ilmiy bir shaklda tortishsak nim qilsak bo'ladi aziz qarindoshlar. Xo'sh. Buning hamda asosiy tashkillagan tashkillagan kishi bormi yoki hammaylar shu o'zaro yig'in ichib qarorni ma'qullab, yani sizlarga sunishdan burun va yoki sunmay Ahmadjon Osmon apandim prezidentlikdan qoldi deb
buni o'zligidilla, ya'ni to'g'rida, ya'ni bundaq bir yig'in bilan ilib borgan avvalmi bu? Chunki men buni bugun tushdan keyin tush bilan uqdim desam bo'ldi. Tush vaqtida ko'rdim xabarni, darhol sizlarga xat yozdim va bu ekronni ochiqlama beraylik deb bu ekronni ochdik yani. Buning tafsilotini bilamla yani. So'raversin. Yani tafsilotini bilamla bu ishning, ya'ni sizlarga bu to'g'risida qaror olgan qandaq bir qaysi shaklda qaror ilindi? Yo'q, tafsilotini o'qimayman, lekin endi biladigan tafsilotlarimdan, masalan, buni nimening arasıga, parlament a'zolarining arasıga silibdi. Meni vazifeden qoldirishdan iborat bu qarorni ma'qullash uchun. Lekin ularning qarorida kim, mesela parlament a'zolarining manchilik parlament a'zosidan manchiligi ananiki palani hukumuniki imzolari bilan bunda qaror ilindi deydigan hech qanday undaq bir hujjat yo'q endi ularda. Bu bir. Ikkinchisi, endi bu qarorning o'zimi qonunsiz hisoblanadi. Chunki men bu qarordan burun bir necha kun burun parlamentni taqdim etgan. Bundaq bo'lgandan keyin bu taqdim etilgan parlamentniki qaror qaytadan qaror chiqarish, har qanday qaror chiqarish haqqi va huquqi bo'lmaydi. Qonunsiz hisoblanadi. Yani bunda qandaqligi bo'lsin, bu bir qonunsiz ish. Demoqchisizlar yani. Albatta. Tarqatilgan bu qonunsizligini parlament a'zolari bilamdi yani. Parlament a'zolari bilamdi bu so'zni bilamdi. Bu qoidani bilamdi yani. Bu aqalli savatqo. Ammo bir hukumatning, bir surgun hukumat deb atalgan bir hukumat aqalli bir savatni nima uchun bir surgun hukumatning parlament a'zolari bilmadi demoqchiman. Ularninki sapa shunchalik bu. Bundaq tushensakmi bo'ldi savolingizni men tushundim. Ular bunda qaror chiqarishida endi prezidentning parlamentni taqdim etishi qonunsiz deb turib chiqargan bo'lishi mumkin bu qarorni. Aslında tushunganlarimiz uni boshqa qanday tushunamiz. Endi agar unda bo'lmasa, bularni savotsiz, mushundaq bir oddiy savatlarni bilmaydi deb qarlab qo'yishimiz mumkin. Şuna men bunun aldığını düşün, bunda qarashning aldığını düşün, men aşnaq o'ylayman endi. Shundaqmikin deb faraz qilaman. Bo'ladi, rahmat. Bir qarindishimiz Naqmaydan telefon qilibdi, so'zni anglab baqili, savoli bo'lamdi yoki so'zi bo'lamdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, sen tajalli ustoz. Qandaq so'zingiz, savolingiz bo'lsa o'tirib qo'ysangiz bo'ladi. Savolim yo'qdi, faqat hurmatli Ahmadjon Osman efendim, reisi Cumhur Şarkı Türkistan Sürgün Hükümeti'mizdeki Cumhur Reisimiz. Ben üzerindeki hürmetli Ahmadjon Osman Efendi'ne ahir açık kolaylıqalıqımıza hem şu siyasetini yürgüzgenlik hakkında kolaylıqalıqımıza bir avaz boşluğu telefon kıldım. İnşallah yaşta şunda doğru boğan siyasetniki, doğru boğan hizmetkarlarımızdaki, millet üçün hizmet kılgan şunda fidakarlarımızdaki her zaman yanında buludu. Bunu hürmetli Ahmadjon Osman Efendi'nin başta olmak üzere bütün hükümetimizdeki, halkındaki bütün xeyrindaşlarımızdan bilişini ümit kılıma şöyle de koyayım rahmet. Sizga ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ya'ni sizning aralda bir qo'lliq uchingiz telefon qilgan o'xshaydi. Xo'sh. Bu prezidentlik tuzilmasida siz o'tgan yil saylandingiz-ku deyman mening bilishimcha. 2015'te. 2015'in 11. ayının 12. günü. Bunda qo'yganda 3 yil bo'lib qoldi degan so'zmi? Albatta, 3 yil bo'lay deb qoldi. Ammo men bu surgun hukumatning rasmiy midiravatganligini shu o'tgan yildan tortib hisoblab qoptim, balkim bu mening xatoligimdir. Ya'ni bu qancha yilda bir saylam, ya'ni men bilsammi, yana so'ray qarindoshlar bilib olsin. Ya'ni prezidentlik saylami ilib berildi. 4 yılda bir kıtım. Bizim asas kanunda her 4 yılda bir kıtım
hükümetninki saylımı ilip verildi. Bunun da aldı bilen bütün parlament azaları, yani hükümetli Şarkı Türkistan'ın parlamenti bika kılındı. Yani çekilindi, parlament tarqıtıldı, tügeydi. Anadın ki hükümet kabineti mi istifa verişiydi her biri, hatta prezidentin tartık. Şuna olan kayıtıdın parlament azaları saylandı, parlament reis saylandı. Anadın ki prezident saylanıp çıktı. Prezident saylanğandan keyin anadın baş ministerini prezident gösterdi. Şuna olan baş minister parlament azalarınınki avazını alğandan keyin avazını parlament baş minister kabinetni, yani ministerlerini teşkil kıldı, ayillab çıktı ve prezident bununla ma'qul bulup tasdiqlagandan keyin kabinet, yani hükümet şekillenip. Yani undaqda hazırkı parlament azaları yani bir yılını saklap saylan bilen prezident saylaş veya ki yeniden teşkilleniştin aldırap bu yıl, yani bir yıl burun yani sizni karar bilen, yani kanunsuz bir karar bilen, yani sizin sözünüz boyunca bu kanunsuz dediniz, akalli savat dediniz. Karar bilen yani eptaşıldık degen kararnamenin çıkadı degen söz. Yani bu aldıraşның içinde başka bir nersin barmı? Mesela çünkü ben aşkarlaşqa mecburman. Çünkü bunun dinkin hemme iş şunda uçuk mansun ki meyil Dünya Uygur Kurultayı, meyil sürgün hükümeti, meyil başka teşkilatlar olsun. Her nersi uçuk ve demokratik şekilde olsun dep bunu soravatımı. Bunun keyinde bir haysiyat veya ki sizge bolgan şahsi karşılık, şahsi ziddiyetler var mı bunun da? Ben bunu hem ben %100 sebeplerini %100 bilmegenligim üçün, cezimleştiremmegenligim üçün ben onu bu yerde sözlep oltasam bulmaydı. Lekin ben umumi bir vaziyetni hazırkı şu ahvalımızda ben nima qilyapatdim, boshqalar nima qilyapatdi, hukumat nima qilyapatdi, nima qilishga urinyapatdi degandek mushtaq bir turkum masalalarni men oydinlashtirgandan keyin balki ko'rarmanlar va siz bir natijaga, bir sababga erishib qilishinglar mumkin deb o'ylayman. Shunga men ba'zi masalalarni bir eskartib gap o'tay. Shunga fursat bersangiz. Boladı. 8. ayınınki 1. günü. Hoş. Yani 7. ayının 31. günü ben Japonya'ya qarab yolga çıktım. 8. ayının 1. günü Tokyo'ya gidip vardım. 20 gün turdum Tokyo'da. Tokyo'da emas, bütün Japonya'da. Japonya'nın 4 vilayetiga berip 4 vilayetide nutuk sözler, şu vilayet parlament azaları bilen görüşüp, ular bilen bazı meselelerini muzakere qilib, anonlikini Tokyo'ya qaytib kelib, Tokyo'da bazı teşkilatlarning resmi chaqiriqi taklif bilen nutuk sözler, ular bilen sözleşip bazı meselelerini, muştaq işlerini, bir yürüyüş hizmetlerini yapardım. Onundan başka hem de biz hükümet planlayatkan mühim bir türümü baktı bunun içinde. Ben bu yerde eskertip otlamayım sizlerin altınlardan. Hem de şu Japonya'ya ben meniştim 3-4 gün burullam. Bizimki parlament reisi İlyas Şemşidin Efendi'nin ki teşebbüsü bilen hükümetninki azaları ve parlament azaları bir telefon yığını ötkazdı. Bununla tahminen 7 adam katlaştı. Şu 7 adam katlaşkan şu yığında mesela İlyas Şemşidin beni sen ya prezident tutundun istifa verirse ya men bu hükümetten çıkıp ketime degan gapni o'ttirib tashladı. Xo'sh.
Ben Japonya'ya meniştim 3-4 gün burun. Onundan başka sebebi nime dep sorsanlar, bu İlyas Şemsiz'in koygan sebebi men meslekleşmeyi iş kıldık yani. Benimki hazırda günahımmış kendi, cinayetimmiş kendi. Ben meseleleri, işlerini, kıvatkan bazı işlerimni meslet sanmayı hükümetkilerge, parlamentkilerge kıldık yani. Lekin bu sebepnin özüla mesela asasi kanundaki bir maddeye asasen cinayet hesaplanmaydı mesela prezidentka sen istifa verirse bombasa ben hükümetten çıktım deydi hangi. Lekin bu yerde hem de meselelerini yani zamkının akademimiz kontekstinin içine ekirip bir mülazık baksak mesela Japonya'da ben siz bilirsiniz 10. ayın 8. ayının 10. günü geçe Tokyo'da ben Şarkı Türkistan teşkilatlarının liderlerini baş koşu yığınına çağırgan. Muşundak bizden ciddi vaziyetimizde, vatanımızdaki muşundak kırgınçılık, milli mevcudiyetimiz yok oluş gırdağıda durup atkan, muşundak bir mühim payda elbette Şarkı Türkistan davası, Şarkı Türkistan meselesi, bizim inkılabımız, barlık çoğun Şarkı Türkistan ve Uygur teşkilatlarının hemkarlışı baş koş bilen bulmasa, hergiz biz bu vaziyette xitleri takabül turamayız. Sonra muşundak bir vaziyette, muşundak bir jığın Tokyo'da çağırılıp vaxtıda hükümetin içinde mi, muşundak bir davalgıç, muşundak bir ixtilapla, muşundak bir ziddiyetle payda oluştu başladı. Mesela ben Japonya'da özellikle bu şahit ködünla çağırgan jığınga, biz çağırgan jığınga, muşu baş koşuş birlik jığınga, hemkarlışı jığınga, tedbir eliş jığınga, birimi çağırılgan teşkilatının lideri kemdi. Anandan keyin ben Japonya'da bazı kanallardan anladım. Xitay Japonya Taşkı İşler Ministerliği'ne Xitay Taşkı İşler Ministeri katlı besim işlettiğinde. Ben topladım. Onundan başka yine ben 8. ayının 7. ayının 31. günü mağdım yolu çıktım. 8. ayının 1. günü Tokyo'ya yetip vardım. İşte şu günü keşte bir neçe yapıllıklar bilen biz paranlaşıp oltağa vaktimizde Sağlık Hudayar'dan telefon geldi bana. Bu şişiğin doğrusu da. Şunun olan ben Sağlık Hudayar efendi bilen paranlaşıp boğandan keyin telefonunu aldımdaki Şarkı Türkistan davasıga köngül bildiğin, kollavatkan bir yapımlıkı verdim. Tunuş paranlaşıp salam veriş için. Şunun bilen Sağlık Hudayar bu yapımlık bilen telefonu tunuşuktan kıldı. Lekin 2 günden keyin anlasam bana kelgen haberde Sağlık Hudayar efendi muşu yapımlıkta telefon kıldı. Alakalaşıp Şarkı Türkistan sürgün hükümetininki muavin baş ministri bu kadınki Tokyo'da açıldığan hükümet çağırgan bu jığına kiriş gerekti. Lekin Ahmetcan Osman G'ulam Osman Yağma efendiге muavin baş ministriga bilet etmemekti ayrılan bileti. Şuna sile bu efendiге ayrılan bileti ettirişinler gerek. Şunu ümit kilimen ve başka geplerini bir yerde ben esketmey. Başka geplerini deptu Sağlık Hudayar efendi. Şuna olan ananikin bu yapıllık
bizningki davoyimizni ko'ngil bildirgan, qo'llayotgan bu yaponlik Salih Xudoyor Efendiga bir parcha inglizcha xat yozib avatib qo'yib, mana bir nusxasini topshirib berdi. Endi bu xatda deyilganda xat Salih Xudoyor Efendiga yozilgan va bu xatda bu qatimki liderlar bosh qo'shish yig'inining butun chiqimlarini Prezident Ahmadjon Osman bilan muqaddas xonimlar ko'tardi, chiqaryotdi. Yaponiya hukumati bo'lamdi va yoki Yaponiya iqtisodiy, tijoriy taraflari bo'lamdi, hech qanday bir ya'niki Ahmadjon Osman prezidentga pul bergani, yordam qilgani yo'q. Shunga sizning talabingizga binoan biz hukumatning muavin bosh ministri G'ulom Osman yog'imiga bilet ettirmaymiz deb mushlar javobni berdi. Endi mushundaq bir cho'ng yig'in, ya'ni Yaponiyada hukumatning prezidenti chaqirgan, bundaq bo'lganda hukumatni chaqirgan yig'in bo'ladi. Endi mushundaq bir yig'inga tayyorlik qilayotgan mushundaq bir halqiliq bir bosqichda va shundaqlar hukumatimiz Yaponiyada ma'lum muhim bir masalani, bir turni ishga oshiramiz deb tirishayotgan mushundaq bir sezgir ciddi paytda bizning hukumatimizda muavin bosh ministrning Salih Xudoyordek mushundaq bir hozir tunilayotgan, ko'zga ko'rinayotgan yosh inqilobchilarimiz orqali Yaponiyaga Ahmadjon Osman prezidentda bo'lgan gumonini bildirish nima uchun zarur bo'lib qoldi? Yani mushundaq bir yurish masalalar birli vaqtda, mushundaq nozik vaqtda yuz berishidan men haqiqatan sal andish qildim ve ümitsizlendim. Yani bu aslında bir partinin içinde bo'lmaslik tegishli bir mesele. Yani heyetlerinin içinde, teşkilatlarının içindeki kişiler içinde, ama hazır özü bo'lmaganlik uchun men bu to'g'risida ko'p nem qilmayman. Bu qitimliq masalan şu Yaponiyaga berish safarlarida masalan şu heyet a'zolari, yani şu parlament a'zolari ichida bir maslahat bo'landimi? Shu yerga berish. Albatta. Albatta maslahat bo'landi, albatta. Yani yig'indan burun, hatta men yig'indan xiril burun, masalan Yaponiya Sizning ovoz aralda uzilib ketib qoldi. Ovoz uzilib ketib qoldi. Bugün keyfiyatımız anladım ki ben Japonya'ya mağdur. Onundan burun hatta biz Türkiye'ye berişten burun bu yığın doğrusunda da Japonya'da kandak işler. Aşı ben hazır sizge de vatkan aşı meselesini mi ben G'ulankam bilen muzakere kılgan. Bu mesele doğrusunda ben hatta aşı vakitinin özünde onundan G'ulankamdan mı sen burun İlyar Şemsiddin bilen mi muzakere kılgan. Aramlaşkan bu doğrusunda mesletleşken. Yani onun da hiç qanday bir ifade bildirmedimi? Ya biz barmaymiz. Bu. Ya biz Yok biz barmaymiz deydiğin gap yok. Hem de elbette hükümetkiler çağırıldı. Hükümetkilerden mesela bizimki İlyas Şemsiddin ben baranmayman dedi. Yaponiya yığınına. Tashqi ishlar ministrimiz Ablajon Leynaman chaqirıldı. Ben Ablajon Leynaman'a dedim. Yığınga berish to'g'risida Ablajon Leynaman'a baramaydiganligini aytdi. İsmail Chingiz, baş ministrimiz İsmail Chingiz'e söz aytdim. İsmail Chingiz baradigan bo'ldi. Hem biletmi oldi baradiganға. G'ulom Kamg'imi dedim. G'ulom Osman yog'mimi? G'ulom Osman yog'mimi baradigan bo'ldi albatta Yaponiyaga. Lekin G'ulom Osman yog'mining bağmağanlık sebebini hazır bana tashkil etdim. Yani yapıllıkla Salih Xudoyor orqali yapıllıklarda
bilet ettirilishi kerak ekanda G'ulom Osmon. Amaliyotda biz Yaponiyaga bu faaliyetlerini, bu hareketlerini ben hatta o'zimning shaxsiy xarajati bilan berib hareket qilib keldim. Shunga bu yerda mana bir taraf bilet etmegeni yok ve bu yığın için iktisat ajratmeni türlegeni yok. Meyli Yapon taraf bulandı ya Uygur bizim özümüzdeki Şarkı Türkistan halklar tarafı bulandı. Şuna endi biz hemimiz muşundaq ketip barmız şahsen ben muşundaq üzerine xirajati bilan ketip barman. Nima uchun G'ulom Osmon Yag'ma efendi o'zining xirajati bilan bormaydi ekan? Masalan. Yani onu sizlarga bevosita demadimi o so'zni, yani bana hükümet namıdan bilet ettiringlar Dedi. Elbette dedi. Demek bu hükümet pul yok yani. Elbette hükümet pul yok. Özümü bildi o. Mesela ben devreye hazır Türkiye'ye bağa vaxtıda biz G'ulom kam işleyen Türkiye'ye bağa vaxtımızda G'ulom kamdan bildiğini men etmegen. Ya Endi Yaponiyaga berish to'g'risida mu albatta biletning masalasini eskertdi. Lekin men o chog'da degan vaqtimda İsmail, bizning boshimizda İsmailmi o'zi bilet olib boradi, men o'zim bilet olib boraman, siz o'zingiz bilet olib borasiz. Lekin bu yerga masala aniq deyaveray. Endi balki bizning muavin bosh ministr G'ulom Osmon Yag'maning Ahmadjon Yaponiyadan mablag' elib degan gumoni bo'lishi mumkin. Shu guman orqali sog'liqni o'tirg'i silib, Yapondagilar bilan aniqlik uchun o'sha gaplarni chiqargan bo'lishi mumkin. Lekin buning bizningki hukumatimizga, Sharq Turkiston surgun hukumatining Yaponiyaliklarning oldidagi inovatiga va bizning butun bir da'voyimizning inovatiga qanchalik salbiy ta'sir berganligini G'ulom Osmon Yag'madek bizning bu peshqadam inqilobchimiz, ziyolimiz bilmamda. Mesela muş meselelerini men hazır bir devesem, yani keyinki vaqtda men sizlar bilan shu G'ulom Osmon Yag'ma akimizim bizden yaşlı çoğun o kişi. Şu kişini men ikram teklif qilsam, bunu 100 lirane mesela deyişkil bo'lar mı, bo'lmas mı? Bo'ladi, albatta, nima bo'lmaydi. Men tayyor. Çünkü hozirgacha bir parlament a'zolaridan men telefon kelmadi. O nima uchun telefon qilmaydiganligini bilmadim. Biz faqat shu qaror olsak o'zimiz elibla tamg'isimi yo'q, biraylar yezibdi, tamg'isi yo'q qaror ekan bu, qanday qaror, qachon qayerda, kimninki imzosi bilan bo'ldi deb yezibdi. Bu mening diqqatimni chekdi e'lonning ostiga. Endi mushning o'zidan bizningki xalqimiz ko'ralaydi buni. Demak, bu parlamentning Sharq Turkiston surgun hukumatining bu parlamentining qanchalik seviyede, qanchalik ahvolda, qanchalik sharoitda, inqilob sepida, inqilobimiz yo'lida qanchalik bir iqtidorda ve kuchli ekanligi aniq isbotlanib chiqadi buning. Qonunsizligi aniq. Yani bu yerde qarindoshlar aslida inkaslarni yozayotdi. Men birazdan oldin biroz telefon qaradim, chunki ham bahrilayotgan qarindoshlarning soni intayin aziz qarindoshlar. Ular yozibdi, bugungi rahbarlarimizningki bilet og'idek endi pul yo'q bo'lsa, undaqda bizning ishimiz taxmi ta'sir o'xshaydi debdi. Ba'zilarning bor, ba'zilarning yo'q albatta, ammo bir hambahlash konupkasini basanmayotsak, o rahbarlarning yanchiq pulini qanday solamiz, u bek tasbiy ish. Şuna bana hambahlash konupkasini bilsanglar ve qarindoshlar naq maydon telefon qilinglar, chunki hozirgacha 50 dek odam savol so'rab bo'ldi, uningga yetishkili bo'lmaydi. Ahmadjon Osmon efendimdan savol so'ratdi ko'pincha qarindoshlar. Shu naq maydonga telefon qilinglar, ostida g'iybat shikoyatdan saqlanaylikki, mana naq maydonda bir sekundmi ketmaydi aziz qarindoshlar. Prezident bilan paranglasha olasizlar, nima degan yaxshi. Qaranglar. Ma biz Uyg'urlar biz bir demokratik bir şekilde menvatqanlığımız, tang baraberlik şekilde menvatqanlığımız intayin güzel bir iş. Onun için biz qandaylik bo'lsin rahbarlarni ikramga ekilib nim qilyapmiz. Alloh xolisa. Rahbarlarga bevosita salom qilinglar, bevosita so'ranglar. Yani o'tgan qitim men sizlarning surgun hukumat, yani surgun hukumatdagi bir kishiningki Qurultay, Dünya Uyghur Qurultayı
bizni ish qilmadi va yoki boshqa tashkilotlar bizni ish qilmadi deydi. Ammo bizda pul bo'lmasa biz qanday ish qilamiz degan vaqtda men qattiq umidsizlandim o so'zdanchi. Qattiq umidsizlandim. Savolim, nima uchun sizlarda pul yo'q? Mening savolim aldı bilen men 2015 yılı prezident bulup saylangan günden tatip ha bugünkü günge kadar 3 yıl mabeynide izchil türde Şarkı Türkistan sürgün hükümeti ve parlamenti azalarının bedel pul töleşi gerekligini hazır kayıcı tölemeli vatkallarını eskertip geldim. Lekin mana hazır kayıcı hatta bizden muşu münevver muhterem parlament azalarımız ve hükümet azalarımız hazır kayıcı özünün bedel pulunu töleğini yok. Bedel pulunu töleyenmeyen bir hükümet ve parlament azaları iktisatını kanda kalkılandı. Bu bizim iktisadımızın en aldırdığı ve zürür bir baskıcı emas mı? Bedel pulu. Hatta bu özümüzden muşu hükümette, muşu parlamentta turganlığımızın ki yeni bir taraftan bir deyimiz fakirlik işi ve fakirlanıdığan bundaq bir halet, keyfiyet bilen töleydığan pul bu asli. Meşhur bedel pulu tölenmegen bu hükümet, bu parlamentta başka şekilde kandak iktisat menbaasini elde edilir. Bu bir. İkinciden, parlamenti, Şarkı Türkistan sürgün parlamenti men 78 adamın sanıya alayım parlamentta. Muşundaq bir parlamentta qanday qilib iqtisod manbasini hal qilib bo'ladi. Shunga men 3 yil mobaynida parlamentni to'liqlash, kengaytirish, uningdan boshqa inqilobimizni, hatto bizning sürgün hukumati va parlamentini xalqchilashtirish, xalq yuzlantirish, sürgündeki, muhaciretdeki barliq Şarkı Türkistanlıklarning parlamenti ve hükümetiga aylantirish teşebbüsünü koyup geldim. Bu teşebbüsüm devamlı bir yerde kaldı. Neymiş için? Bunda olmasa yana iktisadi menbaimizni yakalanmayız. Çünkü biz bunda iktisadını yanıla halkımızdan sorayız. Halkımızdan talep kılımız. Üçüncüden, Şarkı Türkistan sürgünlü hükümeti özünün ismi bilen inakki bu Şarkı Türkistan devletinin müstakillığını, devletinin ilgilik hukukunu keltirdiğin bir organ. Siyasi nişanı şu. Bundaq bir organın hiç qandaq bir devlet orullarında ve devletki teve teşkilatlarda, idarelerden hiç qandaq iktisadi yardım veriş fırsatı bulmaydı bundaq. Bundaq hükümet iktisadi menbasini fakat özünün halkına tayinip qilish gerek. Halkı tayinip bu iktisadi menbani amalga oshirish uchun parlament kengaytirilishi gerek, to'liqlanishi gerek ve parlament bilan hükümet teng darajada xalqqa yuzlanishi gerek. Xalqning saylimi bilan parlament, xalqning ve parlamentning saylashi bilan hükümet barliqqa chiqishi gerek. Mushundaq bo'lganda andan keyin xalqning iqtisodiy yordamini erishgan bo'ladi. Yani sizlar bu meselelerni yani 3 yıldan beri sabır kılıp demeye keliyotuplar, ben hazır şunu sezdim. Elbette. Ben çünkü bu hükümetimizden, bizim Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin içki işi, onun üstüne biz hükümetini teşvik kılıvatımız, hükümetninki prensiplerini, hükümetinin inkılap yolunu, bu hükümetinin bizim Şarkı Türkistan inkılabımızda, Şarkı Türkistan milli görüşümüzde en salayetlik, en toğra, en üzülkesin bir şekilde geldiğini teşvik kılıp kılıvatımam ben mesela. Bunun için hem de bazı bizim içki meselelerini oturup söyleyip çıkışta bulmadı. Çünkü bulmaydı onda kısa. Yuşurup geldik. Ben özel işçiliği sığdırıp geldim bunu. Lakin hazırlık hikayeçe bulabilen bulunmaktan bu küreş neticesi olup kaldı. Hatta hükümet ve parlament hatarlık ahvalda yetip geldi. Şuna boğuluk bu kıtım buldu. Yani parlamentini tark edip bütünlüğü hükümet ve parlamentini halk özlendiriş, halkının parlamenti
keng xalq ommasini hükümetiga aylantirishga qarab turgan yerimiz yo'q. Xalq bilan ish qilmay, bizning hukumat bo'lmaydi, parlament bo'lmaydi, da'vo bo'lmaydi. Chunki da'voyimizmi xalqning da'vosi, hukumatimizmi xalqning hukumati, parlamentimizmi xalqning parlamenti, tashkilotlarimizning parlamenti bo'lishi kerak. Bo'lmasa, boshqalar aytgandek, bu hukumat nereden kelib qoldi, qanday qurilib qoldi, kimning hukumati, sen kimning prezidenti, seni kim saylabdi degan gaplarning chiqishimi yani tabiiy deb o'ylayman men. Chunki biz mushu xalqning hukumati, mushu xalqning parlamenti va shaxsan men mushu xalqning prezidenti bo'lolmasam, mushunday gaplarning tarqalishimi men xato emas. Yani bugün biz intayin to'g'ri bir programma qilganda qilamiz qarindoshlarninki inkosi qaraganda. Qarindoshlar yozibdi. Hüseyin efendim bu yani Tumaris qarindoshimiz. Bu programmani qilmagan bo'lgan bo'lsak, rahatsız bo'lmagan bo'lsak yaxshi bo'lib ekan debdi. Demakki bu yerda mundaq bir masala bor qarindoshlar. Yani nurg'un masalalar bor. Biz azaldan shu ichimizga pukuk, yipiq shaklda tashkilotlandik. Tuzilmeleştik, her nesi maxfiy, iqtisod mı maxfiy, rehberlik mi maxfiy yerler mi var ama bu şekilde bulmaydı. Burunki 15 yıllık mabeyindeki, 20 yıllık mabeyindeki tuzilmelerde ağır meseleler çıktı, cık neticesizliklerini gördük, neticeler mi var inşallah, onun tinalamayız. Ama bunun dinkin, mesela hazır Ahmetcan Osman Efendim'nin 3 yıldan beri cık işleri sabır kıygallıqını ben bugün seziyatım bu nek meydanda. Yani sabır qıptı aqıbet bugün bu işkiranda bu meselelerini aşkarladı ki fakat bir yerde neticeni mənim üçün bunu yaxşı qıptık deydi dese mana xalqqa yüzlengen teşkilat bolsak bolaylı ki yoki rəhbər bolsak bolaylı ki yani hamma narsa maxfiy, xalqmi bilmaydigan, özümüzmi bilmaydigan, işimizde nurg'un kavaklar bo'lgan, bo'shliqlar bo'lgan, iqtidorsizliklar bo'lgan mundaq teşkilat, mundaq rəhbərlikni vaqtida vayron qilib, vaqtida yo'q qilib, quralaydiganlar no'chisini qursin, uchiq oshkor mansun, dunyoga oshkorlasin, xalq bilan birga mansun, quranmaydiganlar quruq teşkilatni qurib, ichida jidal majralashib, nimaning nima ekanligini bilmay biz tarixiy xatolikni qayta o'tkazmaslik uchun mana bugunkidek Muşundaq ikrarlarda xalqımız bilan görüşüp her narsa ochiq bo'lib ketsin. Men ochiqchilik intayin güzel bir iş yani. Demek sizlar Nayt to'g'ri dedilar, albatta. Her qandaq tashkilot, her qandaq jamiyat jumladan bo'libmi hukumat, her qandaq hukumat, her qandaq parlament xalqning mulki. Şuna davamlı xalq oldida süzük bo'lish kerak. Xalq bilib turish kerak, ko'rib turish kerak, nazorat qilib turish kerak, orlashib turish kerak. Shunda bo'lganda xalqni safarbarlik qilib tugili, tashkilotlarimizga, hukumatimizga, parlamentimizga ishontirgili, shuning bilan xalqning safarbarligi orqali inqilobimizni texnik bir baldaq yuqori saviyaga ko'targili, Xitoyga bo'lgan qarshiligimizni texnik keskinlashtirgili, milliy mustaqilligimizga menayotgan qadamlarimiz texmi yo'q nima kangri og'ili bo'ladi deb o'ylayman. To'g'rimi, to'g'ri emasmi? Albatta bu so'zlar 20 yilning yog'i deyilyotdi. Sizning og'izlarda, mening og'zimda, yana bir tashkilot rahbarining og'zida. Ammo qilinmaganda bugun boshlab berdik desak to'g'rimi buni? Yani rahbarlar başlashimiz kerak albatta. Bugun boshlanmasa kechkidir. Erta cho'qim boshlanishi kerak. Erta boshlanmasa bugun. Yani bu başlanması bulmaydan iş. Size degandek aslında bu şu teşkilat bizden davayımız vatan sırtıda başlangan günden başlap başına buluş gerekti aslında. Yani hemen neyse uçuk bulaş gerekti. Yani alaydı məxfi işlerden başka. Elbette bir teşkilatın məxfi işleri buludu. Özara ziddiyetleri buludu. Kolsuz. Elbette. Lakin başında ciddi bak telefonunu bir oңшап qo'ysa bo'pti-ken. Telefonunu bir mundaq elib oңшап qo'ysa bo'pti-ken. Ma yantuv bo'lib oldi. Bir tuzlab telefonini
Aha. Undaki yana joyiga kelib qo'ysizlar. Burunqidek shaklga. Ha, endi bo'ldi. Nihoyat yaxshi bo'ldi. Biroz pastga qartib qo'ysizlar. Xo'sh, davom qilsizlar. Yaxshi bo'ldi hozir, yaxshi bo'ldi. Endi bir misol beraylik. Xo'sh. Sharqiy Turkiston sürgünlüğü hükümetinin Kanada'da bir işhanesi var. Sharqiy Turkiston sürgün hükümeti diplomatiya ve kişilik hukuk işhanesi deb ataladigan. To'liq ismi shunday bu ishxonaning. Sharqiy Turkiston sürgün hükümeti diplomatiya ve kişilik hukuk işhanesi. Bu ishxona 2015 yılından tartib Nevada Kanada'nın federal hükümeti tarafından tasdiqlangan bir ishxona, bir qurilish. Muşu ishxona tasdiqlanib, içildi Toronto'da. Muştaki ishxonaning ijara meselesini ben ishxonani içip Muş Toronto'da Sharqiy Turkiston sürgün hükümeti ve parlamentdagi barliq a'zolarga Muş ishxonaning ijarasi to'g'risida taklif bergandim. Chaqiriq qilgan. Mana degan mush kunimizda hozir mush oyda 3 yil bo'lib qolaydi deb 2 yildan 3 yilga oz qolgan mushundaq bir jarayonda bu ishxonaning ijarasini to'laganlar hukumatning ichida 3 odam. Hukumat Sharqiy Turkiston sürgün hükümeti ve parlamentlerinin içinde 3 odam mush ishxonaning ijarasining pullarını to'lashga yordam qilyapti. O'ylab baxsizlar. Bu 1933 yıldan tartib bugungi kunga qadar Sharqiy Turkiston hukumatining Sharqiy Turkiston sirtida, ya'ni chet elda ochilgan tunji bir ishxonasi. Siyasi qimmati favqulodda yuqori bo'lgan bir o'rin. Mushundaq bir ishxonaga bunu 3 yil bo'lib qolaydi deb ijarasini oyda to'lab kelyapmiz, lekin buning ijarasini hukumatning sirtidagi parlamentning sirtidagi bizning inqilobchi inqilobimizni qo'llayotgan siyosiy aktivlarimiz bo'layotgan va hukumatni qizg'in qo'llab himoya qilayotgan shunday bir turkum vatandaşlarımız bu ishxonaning ijarini to'lab kelyapti. Shuningga yordam qilib hamkorlashib kelyapti. Amaliyotda bizning hukumatimizning parlamentimiz 1 minut saqlang. Xo'sh, davom. Mushu ijarni to'lashga ovoz qo'shyapganlar, as qo'shyapganlar faqat shular. Masalan, bunu bir misol. Assalomu alaykum. Bir telefon kelib qoldi, telefonni. Assalom, tajalli hukam yaxshimisiz? Meni ismim Ramila Abdulmalik Kanadadan. Men Ahmadcha Osman bir savolim bordi, shu savolimni so'ray degandim. Bo'ladi, so'rasangiz bo'ladi. Boshdan bo'lamdasiz? So'rasangiz bo'ldi, har qanday bir shaklda, ya'ni ilmiy shaklda qanday gap so'zimiz bo'lsa deysiz. Ilmiy bo'lmaydi. Alo, Ahmadjon efendim? Ve aleyküm assalam. Rahmetullah. Qanday qilishmi? Qo'ldan qo'ldan. Yaxshimisiz? Ahmadjon, mening bunday bir savolim bor. Endi men burundan tartib bu sürgünde hükümetini Amerika'da kurulgan vaqtda menda qo'llamagan, shaxsan buning sirtida. Keyin siz bunun baş minister bo'lib keldingiz, shuning kelishning oldida men mushu Edmontonda ishlayotgan vaqtimda Ulam akamning og'zidan mushu hukumatga qanday qilsa mushu Ahmadjonni akilinglar, buning qalbidek yuqori, qalbdan foydalanish kerak deb shuningga yig'inga kendisimi mansab berdigan dedim deb o'z og'iz degandiga. Chunki siz keldingiz, endi mush ishlarni qilyapsiz, ammo men ya qo'llash emas, ya qo'llash o'tirliq tutdim. Chunki sizlarning parlamentdagi odamlaringlarning safasi bek tuvan bo'lganligi uchun biroz diqqat qildik biz bu ishga. Diqqat qildik. Keyin biz bir qitim keldik Torontoga, kelgan vaqtida sizlar ishxona ichibsizlarga biz qo'shib oldik buningga. Endi bizning oilamizning ko'z qarashi mayli qanday yer bo'lsin, ko'k bayroq tiklanib, Uyg'urning davosini qilsa shuni endi bo'lamiz degan bir narsa bor.
haftada biz bir oturuştan keyin yig'ildik. Yig'ilib, ashada siz oylik ijobni gapini qilganda biz men bilan birga kelgan mukarramlar 2 oylik pulini biz to'ladik. Biz parlament a'zosi emas, hukumatning a'zosi emas, ishlamamiz. Boshqalar dedi, siz dastlab 10 ming dollar chiqarib ish boshlab ketgansiz. To'g'ri, bizning yaqinlarimiz ham guvochi, ham sizga madad beribdi. Ammo mushkamgacha bu hukumatda bir ish faqat Ahmadjon menvatidi, qivatidi, kreditlar xashlayotidi, ammo boshqalarning bir qo'l chiqarib qilganini o'qimadi. Buningni mening haqlarim ururab haqnim hayron qilayotgan yeri sizningki ulamakam neft ishlaydi, biz bilamiz yaxshi maosh, yuqori ishlaydi. Onun ustiga bu hukumatning mayt o'lliq adimi. Mushning beltini sizning ashad apag'anligimiz o'zi bu hukumatni qo'llash emas, amaliyotda sizni iqtisodiy jihatdan vayron qilishmi yoki ish qilishmi? Siz agar hozir badal to'labsiz, manchilik pulingiz xashlabdi anglasam, siz bundaq vaqtida siz mushu davoni to'xtatib qo'yish tarafdami? Siz yani bunun buni bardoshlik berib chidab bu davoni davomlashtirish tarafdami? Allah razı olsun, rahmet. Sözünüz tügüdü yani devamı? Tügüdü. Rahmet sizge bundaq qo'yib programmadan davom qiling. Telefon qilganligingiz uchun rahmat. Agar yana boshqa so'zingiz bo'lsa, yana qayta telefon qilsangiz bo'ladi. Rahmat. Tamam, ma'qul. Rahmat sizga. Rahmat. Mamila xonim. Xo'sh, yana gap tuzda, usul tuzda gap nimada deydigan bir gaplar bor. Hozir asli kayfiyatimiz shundan nachar boshlandi bugunchi qarindoshlar. Chunki biz bir krizisni deyishyapmiz, ammo hozir mencha kayfiyatimiz yaxshilanyapti deyman. Nima uchun? Chunki biz islohotga qarab qadam qo'yayotganligimizni ko'ryapmiz aziz qarindoshlar. Ahmadjon Osmon apandim shunday o'ylamdiki bilmayman. Islohot, buning o'zi bir islohot. Ekronga chiqib bir prezident o'zini tushundirishi, xatoliklar bo'lsa bo'yniga ilishi, to'g'ri bo'lsa to'g'ri deyishi, boshqalar xatolik o'tkazgan bo'lsa, "Men bunda xato bo'lib qoldi" deb deyishi, bu ishninki, suhbatninki, qarindoshlikninki bir boshlanishi bu-chu. Ham eng muhimi mushundaq insonlar chetdan past ko'rurmanlar naq maydonga telefon qilib, g'iybat shikoyat qilmay, keynimizdan ko't yozmay, inkasni ismsiz, jismsiz, suratsiz yozmay, naq maydonga telefon qila olishi bek cho'ng bir jasorat va cho'ng bir yaxshi bir ish bu-chu. Allah razı olsun. Bu qarindishimizmi bir to'g'ri bir fikrni, savolni so'radi-da. Men so'zni sizga beray. Buningga qarata o'zingizning bir so'zingizni davom. Mamila xonimning aytganlarining hammasi to'g'ri. Amaliyat, haqiqat. Albatta men abay misolga olgan bizningki Sharq Turkiston Suriya hukumatining ishxonasining masalan bir oylik pulini shu xonim ve yoldaşı to'lagan. Xo'sh. Amaliyotda bular Sharq Turkiston Suriya hukumatining a'zosi emas, kabinetda bir ministr emas, bular yoki biz Sharq Turkiston parlamentining a'zosi emas. Lekin bu xonimninki savoliga mening beradigan javobim albatta men to'xtab qolmayman. Albatta men to'xtab qolmayman. Men o'zimning yanchug'idan, o'zimning iqtisodidan, hatta o'zimning kredit kartlarından qarz elib bu davoni hozir chiqib kelgan bo'lsam, yine bunun denkini davomlashtiraman. Qilolgancha albatta iqtisodiy jihatda iqtisodiy tarafim yarım bo'g'icha, ya'ni men qilolgancha muddatda albatta men buni davomlashtiraman. Agar iqtisodiy jihatdan davomlashtirilmaydigan holatga kelgan taqdirdami, men yana boshqa usullar bilan yana bu inqilobni, bu davoni davomlashtiraman. Chunki bu bizning majburiyatimiz, burchimiz. Vatanimizda ahvollarni sizlarga demasammi, noyat aniq, aktiv, isbotli, quyoshdak yorqin holda turadi. Sharqi Turkiston xalqining milliy mavjudligi g'amning qirg'og'ida turadi. Yo'qolish girdobida turyapmiz. Bundaq sharoitda, bundaq
vaziyette, bundaq bir tarihi paytda biz qarab tursak, Allah'ın aldıda, halkımızın aldıda, özümüzün vicdanının aldıda cinayetçi oluruz. Şuna ben onu toxtatmayman, davamlaştırayım. Xo'sh. Yani mushu so'zlarining oqiga birozdan keyin so'raydigandim, ammo buni to'g'ri kelib qoldi. Saylam masalasini o'tirib qo'ygandilar. Saylam masalasini o'tirib qo'ydi. Bu parlament bilan birga deyilgan gapmi? Yani ular bilan birga saylam. Elbette. Ya elbette bu saylam nima? Bu endi bu parlament o'zining ishini qilolmagandan keyin, o'zining vazifasini ado qilolmagandan keyin, hatto o'zini to'liqlashga intilmagan ham to'liqlashga qarshi turyapti, passivlik qilyapti bu parlament. Buning uchun bu parlament farq qildi. Endi pat arada Sharq Turkiston parlamentni ta'sis qilishimiz kerak. Barliq keltirishimiz kerak. Buni faqat saylam orqali qilamiz. Bu saylam yana vatan sirtidagi, muhojiratdagi, surgundagi Sharq Turkiston xalqimiz, vatandoshlarimiz orqali bo'ladi. Bu saylam pat arada mushu parlamentni texmi kengaytirilgan. Yani hatta 60 bizning asos qonunda deyilgandek az bo'lganda 60 emas, inshaalloh 60dan ko'p. 100, 150, 200 yetkidek parlament a'zolari bilan keng ko'lamli bir parlamentni ta'sis qilib chiqa olsak, mushu parlament anondan keyin hukumatni saylab chiqsa, prezidentni tortib toki odatli bir ministergacha, anondan keyin bu hukumat haqiqiy Sharq Turkistonliklarning hukumati bo'ladi. Mushu hukumatning prezidenti bo'lgan, mas'ullari bo'lgan odamlarimiz xalqining oldida, xalqaro jamiyatlarda, davlatlarda qonuniy va vakillik, haqiqiy vakillik xarakterli bir hukumat organ sifatida ish qila oladi. Ham kuchli, ham iqtidorli, ham qonunli bo'la oladi. Yani agar tarixiy bir xatolik qaytadan yuz bersa, Anvar Yusuf Turani zamanida prezidentlikni, parlament qaror chiqarib, baş ministerlikni qaror chiqarib ilvatgandan keyinmi bu kishi ta bugungacha o'zining baş ministerligini deb kelyotdi. Bugungacha taxminan baş minister deb nim qilyotdi. Bugunmi ham shu ish qaytadan yuz berib, masalan, parlament bijak yig'ilib kelib, ular Sharq Turkiston surgun hukumati parlamentini tashkillab, sizlarni yo'q desa yoki bu prezident emas deb qaror ilib, parlament ya'ni boshqa prezident tayinlab parlamentni davom qilib qolsa, sizlar qanday buning qanday qaraysiz? Bütün vücudum bilan alqishlayman. Bütün vücudum bilan alqishlayman, çavaq çalaman. Haqiqiy demokratik shaklda, haqiqiy Sharqiy Turkistonliklarning arzu armonlariga, da'vo nimasiga, yo'liga vakillik qila oladigan bir parlament barliq ketdi va demokratik shaklda o'zining prezidentini, bosh ministerlarini, kabinetlarini tashkil qilib chiqibdi deb çavaq çilib alqishlayman albatta. Mening ko'zlaydiganim men emas, o'zim emas. Allah turibdi, Allah'ın aldıda edimen, üstümde Allah, aldımda sizler. Ben hiç kaçan özem oyluğunum yok. Özemnin prezidentliğinin oyluğunum yok. Ben her vakit özemnin prezidentliğinden vaz geçişke, mendin mi iqtidarlık, mendin mi yaxşı kılanan adamga ötküzüp veriş dememiz bu bir yerde. Şu adamga yolunu içişke hem ben özem, bir şahs tutum, Sharq Turkiston tutum bilen her vakit geliyorum. Hazır mı bana? Parlamentni men tarqatdim. Xo'sh. Parlamentni tarqitib, yeni bir saylamga chaqiriq qildim. Keng ko'lamli umumiy xalq safarbarligidagi bir saylamga. Shundami? Shunday. Albatta bu saylamda men prezident bo'lolmasligim mumkin. Lekin mushundaq bir cho'ng safarbarlik ostida shakllanadigan parlament va mushundaq bir cho'ng ko'lamli parlament ichidan barliq keldigan hukumat, kuchli hukumat uchun mening prezidentligim hech nima emas buning oldida. Agar men prezidentligimni o'ylagan bo'lsam, nimda bu parlamentni taqdiman?
Men hozir prezident mush parlamentning oldida, unda bo'lsa men o'zimning prezidentini saqlab qolish uchun bu parlamentni taqatmasligim kerak. U chog'da men prezident bo'lib kelaverman, turaverman. Shunga buningdan keyin pat arada albatta bu mush oyning oxirlari planlanyapti. Bütün Şarkı Türkistanlıklar seferberlik kelib, muşu bir parlamentni barliq keltirgan vaqtida, anandan keyin muşu parlament yeni bir hökumatni barliq keltirdi. Albatta bu saylan bilan bo'ladi. Har qanday odam saylanga kira oladi. Har qanday odam Turkistonlik vataniga, davosiga, millatiga, Allohga xiyonat qilmaganlik Şarkı Türkistanlık bo'lsa, o'zini prezidentlikka ko'zlaydi. Yeni bir tarafdan ben bu şeyde cakalat deb qo'yay sizlarga, mushu ekranning o'zida meningki o'zimninki niyatimning qandaqligini isbotlash uchun bo'lsa-mu, balki men bu parlamentda o'zimni prezidentlik ko'rsatmayman. Faqat mening mush qilganligimning saf niyat ekanligini ko'rsatish, ifodalash uchun. Albatta bu niyatni Alloh taolo ko'rib turibdi, lekin muşu şekilde halkımızı ispatlap verelim. Gözlük koyalayman. Lakin bizning en asaslı vazifemiz, en asaslı noktamız ne bo'lishi kerak? Sharqiy Turkiston sürgün hükümeti de muşundaq bir inqilobning, davaning en salahiyetli, en üzülkisi, en to'g'ri bo'lgan milliy mustaqilligimizni qayta qo'lga keltirishda mushundaq bir organ bo'lmaydi. Shunga mushni saqlab qolishimiz kerak. Mushu shaklni saqlab qolish uchun hammamiz qurbonlik berishimiz kerak, hammamiz kuchishimiz kerak, hammamiz fidokor bo'lishimiz kerak. Ya'ni Enver Yusuf Turaniydan keyin Sharq Turkiston sürgün hükümeti qat'iyan mavjud bo'lib turishi kerak demoqchisizlar. Elbette bu hükümet bağ mevcut bulundu. Bu hükümet bağ. Hazır tarqalğanı bilen bu parlament tarqaldı. Bu parlament tarqalğandan keyin bu parlament qayta teşkilleniş gerek. Hükümet qayta saylanış gerek. Lekin bu hükümette bu devletlerde şunda bulundu bu. Mesela her qanday bir devlette şundaq bir kriz düşkəyə vaxtında parlament tarqıtıldı. Andan keyin qayta saylanma çağırıq qıldı prezident. Şuna bilan qayta saylan bo'ladi. Saylanda qayta hükümet şekillenip çıkıdı o. Uçakta bu devlet yo'qoldi demdi, bu hükümet yo'qoldi demdi, undaq shu. Sharq Turkiston sürgün hükümeti mevcut. Hazır mı mevcut? Kelgüsü mü mevcut bo'lib turadi. Lekin keng ko'lamli ommaviy asosga ega. Kuchli, iqtidorli, fonksiyalik bir hükümet ve parlament barliq kelishi kerak. Bo'lmasa biz hazırki vaziyetimizde Xitoyga taqobil turolmaymiz. Hazırki vaziyetimizde Sharqiy Turkistonning mustaqilligini qayta qo'lga keltirish yo'limiz bek uzuraydi, bek mushkulchilikka duch kelamiz. Qiyin bo'ladi. Yani bu saylam qachon? Yani bunun da bir aniq binasi bormi? Hazırki planda bu saylam kelgusi bir ay ichida inşallah. Bir ay, bir yarim ay ichida. Yani unda bo'lganda aldığımızda mesela Sharq Turkiston Mustaqillik hareketi degan bir tashkilotmi oldimizdagi 1-2 oy ichida qurilib bir saylam o'tkazamiz degan so'zlar bo'lyotdi. Seyit Tomtürk efendim uni o'tgandimi degan bu masalani o'tirib qo'ygan. Bu ikkisi o'tirdi bir qanday yuz berdi? Masalan, Sharq Turkiston sürgün hükümetimi bir saylam o'tkazsa yoki bu ikkisi ikki yerning saylim bo'lamdi. Yani xalq bu yerda qanday bir yo'q, agar mushu taraflar, masalan siz Seyit Tomtürk efendini eskerttiniz, egil turga aldınız mesela mushundaq bir saylam bo'lish ehtimoli bor. Masalan, mayli bu har qanday taraf agar Sharq Turkiston parlamentini ta'sis qilish uchun shu saylamga biz atlanamiz desa, albatta ular haqmi, ularni haqli. Chunki bu hükümet, bu parlament oxirida Sharqiy Turkistonliklarning hükümeti parlament emasmi? Shunga har qanday bir taraf parlament ta'sis qilish uchun saylamga da'vat qilsa, shaxsan men Sharq Turkiston sürgünde hükümetiga vakolatan hozir bo'lsa-mu, prezidentligimizda men qo'llab-quvvatlayman. Men
bütün bu hükümettekilerini ve tartıştırılgan parlament a'zolarının hemmisini şu yerga qaytadan sayılışga chaqiraman. Hozirgi taqilib siz taqib etgan parlament a'zolarining yani qayta parlamentda saylanish huquqi bor yani. Albatta sayılış huquqi bo'ladi. Chunki ular parlament a'zolari hozir taqtilishdan burun. Tamam da yeni bir qatamliq saylamda o'zlarini ko'rsatish. Yani özlerini ko'rsatish huquqi bo'ladi. Yani saylanish huquqi bor. Agar saylanilsa, yeni qaytadan parlament a'zosi bo'lib ketadi. Tamam da mesela ular bir yerga kelsa, birinchi savol, siz nima uchun bu prezidentlik o'zlarini ko'rsatmaysiz? Siz nabay fidokorlik ko'rsatma, uning uchun kishilarning mening bu qilayotgan ishimning asli mohiyatini, rostligini bildirish uchun men bu qitimliq saylamga kirmayman deylar. Buning men bu so'zga yani vaqiflanmadim yani bu fidokorlik. Yani yine burada Hüseyin Efendi, Tecelli Efendi, mundaq gap bu yerda nima deganda, endi hozirgi mushu krizislerimizda men abay so'zlab o'tdim. Masalan, iniq daradim, ham iniq daray, G'ulom Osmon Yag'ma qatorliq va İlyas Şemşidinmi buning ichida va boshqalarmi kishilarmi buning ichida, Xizirbek G'ayratulloh mening muavinim, yani muavin prezident shuning ichida bular meni Yaponiyadan pul oldi, pul olyotdi, bizga demayotdi degan shaklda qarayotdi. Ya'ni meni xiyonat chiqaryotdi bunday chiqib. Uni biraya dedimi bu gapni? Albatta deyildi. Albatta deyildi. Menga deyildi. Boshqalarga deyildi, Yapon tarafga deyildi. Yapon tarafda deyildi. Hatta boshqa Turkiyadagi ba'zi taraflarga deyildi. Hamma yerlarga deyilyotdi. Amaliyotda men talab qilyapman bulardan. Unda bo'lsa meni chaqiringlar. Biz yig'in ichinglar. Parlamentning yig'inini ichinglar. Buni aniqlanglar. Buni aniqlashning usullari pek oson-ku. Agar Yaponiyadan pul olyapti desanglar, sizlar hukumatning bir o'migini tashkil qilib Yaponiyaga beringlar. Berib Yaponiyada hukumat bilan, men bilan aloqalashayotgan tashkilotlar, shaxslar bilan ko'rishib ulardan bundan so'rasanglar, tushunmaydi. Buni qilmaydi, men buni qildim, bulardan talab qildim. Buni qilolmaydi. Yoki bo'lmasa, ochiq oshkora bir nima e'lon chiqaringlar. Biz Sharq Turkiston surgun hukumati prezidenti Ahmadjon Osmonga ishonmaymiz. Buni Yaponiyadan pul olyapti deb qaraymiz. Bizga demayotdi, bizdan yushiryotdi deb o'ylaymiz. Shunga Yaponiyadagi Ahmadjonga pul berayotgan har qanday bir tarafniki bizga deb qo'yishini umid qilamiz deb e'lon chiqarsin, xalqaro bir e'lon. Demak, bu gapni sizlar mush ekranda degan qaraganda men %100 ishonaman bu gapga. Bu fikr hozir nurg'un. Buni ekrandan javobatman, yaponlarmi anglaydi. Mana mush yerda e'lon qildim. Men Allah turibdi ustimda. Allah niyatlarni ko'rguchi, bütün ishki dunyo botinini ko'rguchi Allah'ning oldida, sizlarning oldinglarda men o'zimning qandaqligimni bilaman. Men hech qandaq yerdan qulog'im yo'q. Uning aksiga o'zimning iqtisodini xashlayapman bu davada. Buning ishonmasa bular qandaq qilaman endi? Bunu mushundaq ishonchsizlik bilan mening xizmatlarimni oqstirotdi bular. Mushundaq gumon bilan hatto Yaponiyadagi hukumatning obraziga dog' tushiryapti. Masalan, Yaponiyadagilar menga dedi, biz boshqa tashkilotlardagi ziddiyatlarni ko'rgandik, Sharq Turkiston surgun hukumatining ziddiyatini ko'rmoqchi ekanmiz. Endi sening muavin bosh ministring prezidentdan iborat sana gumon qildi ekan-ku, bu qanday ziddiyat ishinglarda nima ish bor deb so'radi mendan. Yaponiya hukumatidan. Yaponiya tarafdan. Endi mushunda ahvolda bu hukumat men Yaponiyada qanday ish qila olayman? Ishonch yo'qamamdi. Endi G'ulom Osmon Yag'madek bundaq bir ziyoli peshqadam inqilobchimiz agar Solih Xudoyevni orig'i silib, yaponliklarga mushlar gaplarni dizgan vaqtida mushundaq oqibatlarning kelib chiqadiganligini bilmamda, albatta biladi. Unda bo'lsa hukumatning, da'voyimizning Yaponiyadagi manfaati
G'ulom Osmon yağma üçün 2000 dollarlık ayrılık olan böteki tanken memleket. Bu kandak inkılapçı. Bu kandak inkılap. Demek ki ola sizden hakikaten rastla şübhelengen gap ve bu yerde çoğun tuğan gap. Ama siz bu yerde işkiran aldıda neçe ming adam bu yerde. Ben bunda işini kılmadım deb Allah'ını guvalık qo'yib turib davat. Ya Allah'ını guvalık tatip emez. Ya yani men Tecelli Efendi sizin aldığınızda ekrandaki bütün halkımın aldığıma değil. Kıyamette mahşer gağıtta bulanın giyilidin sıkıma. Bilir misiniz? Benim hakkımni mening üstümde muşundak işenmey, guman kılıp muşundak kılıp zügelleri mahşer gağıtta Allah'ın aldığında cevap versin buna. Mening deginim hamda albatta Allah'ını guvalıkka çakırımız. Yani Allah üstümüzde qarab turdi. Deginim bu iliq asan bir gap emas. Yani Allah'ını Albatta ben asan gapni demayapman. Mahşer gağıtta, kıyamette giyilini tanımayman bularning deginim asan gap emas bu. Çünkü ben özen bir işini ben emas bu. Ben özen bir işini ben. Eğer hazır naq meydanda bular telefon qilib qalsa, yani bular deydigan gapingiz bor yani. Elbette. O bulmandıgan, onday gapim bulmandıgan. Undaqda sizga qara ağam bu parlament a'zolari nemish hozirgacha bizning programmamiz boshlangalı 1 soat 20 minut oldu. Hozirgacha telefon qilib ma demaydi yoki deb qolamdi bundan keyin bilmayman. Yani men bilmayman. Men bilmayman nima uchun. Yani Türkiye +90 533 bir telefon geldi alayla, ondan keyin sözümüzni davom qilaylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Hoş sözlüsünüz buldu avazınız. Tecelli efendim. Tekrardan telefon kıldım. Ben Abdülaziz Karakalı Türkiye'den telefon kıldım. Hoş. Hazır programını hemen görüyoruz. Ahmet Efendi'nin sözleri hakikaten jürkümüzdeki bir yere giteydi. Biz bunun burunki sürgünde hükümetimizdeki kılgan hiçbir elde edilecek bir neticeni görmedi. Okulda açılıp referandumda oturuştum başka ben prezidentte oturuştum başka kandak bir şey görmedik ama biz yakınki 3 yıl mabeynin içinde sayın hürmetlik Ahmetcan Osman Efendi'nin kılatma işlerine hem müşküre alatmaz, kalkı müşküre alatmaz. Ben hazır Türkiye'deki gençlerge üzerindeki yıkanı kurulmakçı bulgan Doğu Türkistan Gençler Eğitim Harekatı ve Dayanışma Derneği'nin genel başkanı olma sıfatıyla inşallah bunun keyinki sürgünde hükümetindeki her kandak iktisadi ve başka krizislerge ben üzümlü pida kılışakın bir yerki yaşlarının hem sefer var. Allah razı olsun. Ben halkımın aldı da söz vermem. Allah razı olsun. Yani bunu dep qo'yash uchun telefon qildingiz, shundami? Boshqa so'zingiz bormi? Shunda. Rahmat sizga. Rahmat sizga Abdulaziz Qaraqalli. Allah razı olsun. Bu qarindoshlarimiz telefon qilibdi. Demakki, xalqimizda manchilik bir gaplarni mayli qaysi tashkilot bo'lsin, qaysi rahbar bo'lsin, anglasaqmi bek cho'ng bir destek, qo'llash bo'ldi. Buning qarta bir ko'ngil so'zingiz bo'lsa deb qo'ysangiz, endi boshqa temaga o'tsak deyman Ahmetcan Osman efendim. Hürmetli. Ben bu vatandaşımga, bu septişimga, bu takdirdişimga köpten köp rahmet eytimen. Elbette hazır mening degan iqtisodiy jihatdagi ba'zi so'zlarimni anglab ta'sirlangan bo'lishi mumkin. Elbette Sharq Turkiston sürgünlü hükümeti o'zimizning puliga ehtiyoj bor. Ya'ni o'zimizning milliy kapitaliga. Chunki bu sürgün hükümet bu bir devletning hükümeti, Sharq Turkiston devletining hükümeti bo'lganligi uchun bunun iqtisodi o'zining iqtisodi bo'lmasa, davoda ba'zi chatoqlar kelib chiqishi mumkin. Buni demasam sizlar tushunasizlar. Shunga bu hükümetning puli o'zimizning milliy kapitali bilan bo'lgan vaqtida o'zimizning siyosiy nishoniga tevrenmey, ikkilenmey, haymay yetib boramiz inşallah. Shunga sizning bu jihatda bu taklifni qo'yishingiz meni bek ta'sirlantirdi. Sizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. O'zimning nomidan, xalqimning nomidan, hukumatning nomidan ve Allah razı olsun.
sizdek oğlanlarımız bilen birle davayımız ahirki nişanı yetip baralaydı dep o'ylayman inşallah. Yani bu Abdulaziz Qaraxonli degan qarindishimizga aytgan so'zingiz yani. Albatta. Ve şununla okşaş vatandaşlarımız. Allah razı olsun. Bu yerda nima uchun bugungacha cho'nglarning ichida va cho'ng tashkilotlarning ichida hozir bir qarindishimiz yozibdi, chunki Ahmadjon Osmon apandimning atrofidagi qobiliyatsiz insonlar nima uchun bundoq bir nim qildi, yig'ib oldi degandek bir so'zni yozibdi. Yani mening savolim, nima uchun hamma tashkilotlarda bu o'xshash yuz berdi? Buning bir manbai shu ilmsizligimizmi nada? Chunki buningdan keyin unda bo'lmasi kerak deb o'ylayman. Buningdan keyin qurilgan tashkilot yoki buningdan keyin yo'l boshlab bo'lgan rahbar tashkilotlarda bo'lmaslik uchun so'radim. Buning bir javobingizni olib boqsin. Mening tecrübemden, şu dava inqilab yo'lidagi tecrübemden ve Sharq Turkiston sürgünlüğü hükümetininki işçilik tecrübemden ve şu 3 yıllık prezidentlik tecrübemden elib etken vaqtida şahsiyetçilik bizdeki ve şahsiyetçilikni devletning, vatanning, millatning menfaatinin üstüge koyuş bizning bütün çataklarımızdan, bütün yetersizliğimizden, davayımızdan başında öz ornada destek turuşu, manam aldık sileceğimesliğinden ve şundakla Xitayning her zaman bizden baldır kildiğini ve her zaman Xitay'nınki özününki gayesini, nişanlarını emelge aşırıp kilovatkanlığını bizden karşı duranmayvatkanlığımızınki sebebi manamı şu da koyduğunu. Şahsiyetçilik ve şahsiyetçilikini devlet, millet, vatan menfaatinin üstüne koyuş. Bu belki 250 yılın yatı. Bizim mustemlik tarihimizde mustemlikçinin, Xitay'dan ibaret bu mustemlikçinin Şarkı Türkistanlıklarının royunu yoxtup, karakterini özgertip, kendini bozup koyganda kılıp. Şuna olan bizden bu şahsiyetlikten ibaret bu nefs şeytan bizdenki devlet menfaati, vatan menfaati, halk menfaatinin üstüne çıkıvakını. Bu qanchalik davomlashadi aslında bu mesele? Bu mesele cık davomlashidir. Çünkü bu ben abay esketgende Xitay mustemlikçisinin, Cahangir'inin, Xitay tacavuzçısının bizde yetildirgen bir pislik emas mı bu? Uzun zamanlardan tatip. Bunu özgertmek hiç asan emas. Şuna bunu özgertiş için bir netçe yollar buludu menimce. Bu yollarının ikisini ben eskerteyim. Birinciden teşvikat arkalık halkımızga terbiye işleş arkalık ruhi, manevi terbiye işleş arkalık akbarımız bunu azaytış, yoqutish için. İkinciden teşkilatlarımızın ve hükümetimizin hizmetlerini nazaret kılış arkalık. Yani halk nazaretini koyuş arkalık bu şundaq şahsiyetçilikning bir bütün halkning menfaatinin üstüne çıkılmaslığı, çıkıverişinin aldını eliş için bu şundaq nazaretini yapmamız. Bu bir sistem oluş gerek. Üçüncüden bizden bir xavfsizlik organımız buluş gerek. Davayımızdan xavfsizlik organı. Ben bunu Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin işinde buluş gerek deymen çünkü hiç qandaq bir teşkilat yoki cemiyetning bütün Şarkı Türkistan davasına ve halka vekillik kılalaydigan bir xavfsizlik organı bo'lsa bo'lmaydi. Bu organ fakat devletning bo'lishi kerak. Devletning bo'lishi uchun şu devletga vakil qilgan hükümetning bo'lishi kerak. Hozir Şarkı Türkistan sürgün hükümeti kengayib haqiqiy Şarkı Türkistanliklarning hükümetiga aylangan vaqtida mushundaq bir xavfsizlik organı ta'sis qilinsa, mushu organ bizning davayimizdagi mushundaq shaxsiyatchi
özünün şəxsiyyətini, şəxsi mənfəətini, vətən, millət, dövlət mənfəətinin üstünə qoyduğanlarını cəzalaya alışı gerek deb o'ylayman. Shu vaqtida anandan keyin biz bu tutaqni üstüne eləyimiz, bu rezillikni, bu nefs şeytanның üstüne halip eləyimiz. Albatta. Yani qarindoshlarimiz yozayotdi inkaslarni, savol so'rayotganlar yamanjiq. Men ba'zi bir qarindoshlarimizning savollarini unutib qolyapman. Naq maydonga telefon qilsanglar bo'ladi aziz qarindoshlar. Ya'ni nima uchun 3 yil tamam 1 yil sabr qilsin, 2 yil sabr qilsin, 3 yil sabr qilibdi Ahmadjon apandim. Bu nima uchun bundoq so'ziladi? Chunki o'tgan bir voqeaga o'xshab ketdi bu. Ya'ni shu Magnitskiy qonun ma'qul etish masalasini 8 yilning oldida Qurultay, Dunyo Uyg'ur Qurultayida bu ishning yuz berganligi, buning besilib qolganligi, 8 yilgacha o'ttirg'i chiqmay amdilik kelgan 2 oyning oldida o'ttirg'i chiqqanligidan iborat bir narsa bo'lgan. Buning o'xshagandek bu surgun hukumatim buning o'xshagan bir yana nurg'un ishlar yuz beribdi. Sizlarningki fikr takliflari o'rnalmabdi. Shunday ishlar nima uchun bunday kechikadi degan bu savol so'raladi sizlarga. Bo'ldi. Men javob beray. Sharq Turkiston surgun hukumati 2004-yili qurilgandan tortib taki 2014-yilgacha. Yani men bu Sharq Turkiston surgun A'uzu billahi min kelimati ana deydi Arabchada. Yani men deb qoldim, kechiringlar. Bu yerda men o'zimni demoqchi emasman. Lekin mening da'vatqanim 2004-yildan 2014-yilgacha bo'lgan bu 10 yil jarayonida Sharq Turkiston surgun hukumati Enver'nin ötküzgen hatalığı ve Enver'nin etrafındaki bazı insanların ötküzgen hatalığı, hükümet hatalığı sebebinden bu hükümet çöktü. İnanı tüküldü. Halklarının ağzıda söz çökecekte aylandı. Lekin men A'uzu billahi min kelimet ana diyendey. A'uzu billahi men de kaldım. Şarkı Türkistan sürgündü hükümetini men abay bizning milliy davoyimizdagi, milliy mustaqillik harakatimizdagi eng salohiyatli, eng uzilkesil, eng to'g'ri inqilob shakli deb qaraganligim uchun men yana boshqa tashkilotlarga qatnashmay yoki o'zim boshqa bir tashkilot qurishga intilmay Sharq Turkiston sürgün hükümetiga a'zo bo'lib kirgandim. 2014-yili men Sharq Turkiston surgun hukumatiningki muvaqqat raisi bo'ldim. Ahmad Egamberdi akamning, sobiq prezident Ahmad Egamberdi akamning shuchadagi prezidenti Ahmad Egamberdi akam men vakili bo'ldim. Bunday qilib. Chunki Ahmad Egamberdi akam yashinib qolgan, ozroq kesimi bo'lganligi uchun hukumatning bunday ishlariga prezident nimasida jiq harakat qilinmagan müştereklerin boğanlık için ben Ahmet Egamberdi akamning vakili, prezidentning vakili sifatida bu yo'lni memnunishga atlandim. Endi mushu hukumat, Sharq Turkiston surgun hukumati, mushundaq bir cho'kkan bir hukumat, inovati tutilgan bir hukumatning inovatini qayta tiklash, bu cho'kkan kemini qaytadan suv yuziga ko'tarib chiqish. Şundaqla bu hükümetni Sharq Turkiston xalqining oldida ve xalqaro jamiyat oldida inovatli, obro'li, obrazli qilishga qattiq tirishchanlik ko'rsatdim. Mushu tirishchanlik yuzasidan men hukumatning ichidagi nurg'un yetersizlik, nurg'un kamchiliklarni yoshirib keldim. Nima degan vaqtda bu yenilam hukumatning burunqi salbiy ta'siriga yine ta'sir qo'yib, hukumatning qayta tiklanishi, gullanishi, obro'y qozonishi va to'sqinlik qilmoqchi degan sabab bilan. Lekin 3 yilning yoqi men chidamadim. Chidamadim. Endi qilmasak, endi mushundaq mangsa, mushundaq minverdiganligini ko'zim yetdi. Bir, ikkinchidan hatto Sharq Turkiston surgun hukumati naiti halkılık, naiti muyum, naiti tarihi bir işlerini qilimiz davatqa vaqtining o'zida bu hukumatning ishida bunday ixtiloflarning
tuyuqsiz yüz berişi beni ekime enseretti. Şuna bu hükümetini kaydedin. Halkının hükümetiga keng ko'lamlik saylan bilen demokratiya, Şarkı Türkistanlıklarının demokratiyasini icra kılan asasda bu hükümetini, bu parlamentini kaydedin kurup çıkmasak bo'lmaydiganligini, davayımızda iğir ziyan yüz berdiganligini ko'rib yetganligim uchun men bu ixtiloflarni, bu meselelerni, hükümetin içindeki bu çataklarını aşkarlashga mecbur. Yani mesele biz o'ylagandan mı xatarlik yani? Ya mesele xatarlik elbette. Xatarlik bo'lmasa bir prezident parlamentni tarqitib etemdi. Bu devletning en xatarlik vaqtida bo'ladigan ish. Shunga bu bizning davoyimizning en xatarlik vaqti. Chunki vatanning ichidagi vaziyatimiz, vatan sirtidagi Xitoyning qarshilik harakatlari bizning tashkilotlarimizga. Chunki vatan ichida Xitoy o'zini Sharq Turkistonliklarni vatan ichida kontrol qilib bo'ldim. Endi kontrollikni vatan sirtidagi Sharq Turkistonliklarga, tashkilotlarga qarataman deb harakatga o'tgan vaqtida mushunda halqiliq jiddiy bir vaziyatda tashkilotlarning ichida, bütün tashkilotlarimizning ichida ixtiloflar yuz beryapti. Bu istiqil tabiiy yuz berayotgan ish emas. Dünya Uyg'ur qurultaymi bu? Buning da Xitoydagi davlatning bizning tajovuzchimizning, mustamlikchimizning, dushmanimizning soyalari ko'rinib turibdi menimcha. Shunga bunda halqiliq paytda parlamentni tarqitishga majbur bo'ldim. Chunki mushtaq bo'lmay davoyimizni, hukumatimizni, o'zimizni, vatan ichidagi xalqimizni ozod qilish bu mumkin emas. Rahmat, bir qarindishimiz Ahmeddan telefon qilibdi. So'zni anglab boqaylik, undan keyin davom qilsak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Hüseyin Receli efendi ve Ahmet Osman efendi. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Aleyküm assalom. Bugün Ahmet efendi şu nurgun bizden çıkıp yakalaman, neçim olarak Uygur'dan yürek sözü dedi. Böyle dünya Uygur kurultu olsun, sürgünlük hükümet olsun, ama sürgünlük hükümet yaman bir çoğun kalpak, namı pek çok. Bunu şu yüzden layıkı da kılmasak olmadı. Sizin şu radyo, şu televizyaya çıkan yani biz hem de dünya Uygur kurultu sürgünlük anlattığımız demiş kaldı. Burun Türkiye'de biz kesak 20'den aldığımız için inkılap kulattı. Ben de geldi 20'den bir konferans salonu cevap koyup yakıp koyup şunda inkılap kulattı. Hazırmış 20'li ötek getirdi. Yani okşaş, hiç de mi özgermedi. Ahmetcan Osman Efendi degendek biz layık katılımızmış. Halkına seferber kılıpmış. Çok bir parlamentimizi kurup çıksa. Layık biz kollayımız. Yani bu işin arasında biz burun 2014 yılının başına kullanılan olsa Xitayning bu bir kişiler qilayotgan bu jazoli tadbirlarga pek inkas qaytiralaydik. Nayib to'g'ri dedim. Shu ham Ahmetjon Osman efendidan bugun portlab chiqqan, bizlar portlab chiqqanimizga o'xshash. Mushlar biz teshnatib o'shunda bir ishga. Dunyo Uyg'ur qo'lidan qilayotgan shu Uyg'ur kongressda bir kommunite Bulat qalasini doklab dunyodan Amerika sunyapti. Bu mu lazım? Bu mu parlament ochilib bo'lishi kerak? Bir qismi. Qanday ma'lum dunyo qonunida. Ammo bizning Sharq Turkiston parlamentimizin bulaş gerek. Muş parlamentin açılıp bütün gap kılaradigan muş kurultaylarında sürgün hükümetten başka muş o kadar bilimlik adamlarımız var ki içine kiremmeyen. Bunu kucaklayan bu halkla bek jaraklaşıp ketken şikilesi Uygur halkıda. Biz bek çoğunuşuna koyuklarımız Xudayım buyursa bu bir nayet yaxşı başlanır. İnşallah. Bunun sözünü tüketilmiş. Demek siz parlament sayılım ilip verilse ya ki umumi bir sayılım ilip verilse ben mi kirey demekçimisiz yani sözünüzün aslı şu yatan mı? Bizim kırmız tabii demiş kırmız özümüzün parlament kubarımız parlamentte özümüzün düşüncelerinin sözlerimiz jılya 6 ayda bir toplantıları bana jığıllarda özümüzün bilgenlerini deptirimiz hem mi bilgen bilimlik adamlı kildi şu an hem Uygurlar hem cevherleri kese büyük yakşı bir plan Xitayqanda taqabıl turduğun plan çıkıdı. Bu işin bu kadar adamı topluşulup bir fotoğraf hiç kimde Uygur'da uzaktınız bu kadar Xitay karıştı oldu. Yine de 5 oğlum bu. Yani bu parlament kirmek bir qaraganda tez, bir qaraganda yani oson bo'lishi mumkin. Ama parlament kirgandan keyin mayli Yaponiyaga, mayli Amerika bir yerga bilet ilib berishga to'g'ri keldi. Masalan, qarasam gap so'zingizdan atishliqda qilsiz. Ashunda jiroq yerlik yanchuqingizdan bilet ilib bora olamsiz masalan.
Bunu zaten Ahmetcan Osman Efendi az önce dep öttü. Japonya'ya bağaçadı, inkılap olanlığı. Buna gerek yok. Hazır biz onca küçüğümüz var mı yok mu bilmemiz. Hemen bir yer topluş alandı. Bunu biz video konferans kılıp bazı teknikten faydalanıp durup. Her jığınını video konferans kılamayız dünyada hemen kirip. Bunu zaten parlamentte çıkıp bir adam 15 minut gap bulursan karşısına karşılık, bonsuğa koşul karşılık nasıl ortaya çıkıyor. Bir adam biz çimden bilindik çimden ne bildiğinlikini bilemez. Bunu hemmeden böyle kadar ayıpran birlikte bizim onda küçüğümüze koygulattık. Men buni nima maqsadda so'radim, kayfiyatni taqim yaxshilaylik deb abay bir qarindoshimiz yozibdikan. Bu tashkilotlardagi atishli qarindoshlarimizning to'g'risi bilet ag'il unmaydi debchi. G'ulam Yag'm efendim belkim atishli o'xshaydi shuni qara. Mena bu Xudoyim buyursinmish, Anqarada Xudoyim buyursa, shu Sirg'indik hukumatning bir shu bizning Turkiya vakolatini aytishni o'ylayaptim Xudoyim buyursa, o'sha bir ko'ramiz bu ishni. Amin. Barakalloh, rahmat. Ammo men bu yerda bu shaxsiy bir gapni qaytib bu ishxona ichish oson emas ekan, ya'ni ichib baqdiq. Yani Yok. Hüseyin Efendi ben koşalmayayım. Bunun demiş Türkiye'de Xitayning qo'lim bor. Türkiye teşkilatçılar acizlaştırırken dünyanın hamma Xitayning bir qarı qulamiz bu davada. Türkiye'de eğer biz başka vaqtlarımızda içip sürgünlük hükümete bir şiltmesek bulardı. O kanunu her kanda koyunu olur Türkiye. Dünyanın en yerde. Bunu bunda kaymak turvada da çıkıp yapılan kalı ekran gazı. Rahmet bo'ladi. Boshqa so'zingiz bo'lmasa, biz qag'inlarda parlament yig'in echilganda qag'in deb chiqib Xudoyim bursa şeyga. Rahmat sizga, Alloh razı olsun. Rahmat. Demak ki bugungi bu programmani to'g'ri qilgandek turdi, aral to'g'ri qilgandek turimiz. Ya'ni bu yerda bir xalqningki umid bor-ku, umid qilyapti bir narsani. Mayli Sharq Turkiston mustaqillik harakati qurilsin, mayli sürgün hükümeti parlament tashkillansin, saylov elib bo'lsin. Yana buning qishi ketib qo'ysam, aslında Dünya Uyghur Qurultayı bek ciddi islohotga kiryapti, ko'rib turibsizlar. Dünya Uyghur Qurultayınınki bir yilning oldidagi avvali yo'q. Shunga inshaalloh xalqimiz ham yenimizda tursak intayin yaxshi, mush tashkilotlarning yenida tursa intayin yaxshi. Assalomu alaykum. Yana bir telefon kelib qoldi. Elitiblam so'zni sizga beray Ahmetcan efendim. Kechirsiz. Va alaykum assalom, ammo qisqaroq bo'lsa so'z. Bo'ldi, men naytga qisqa qilay deb. Bo'ladi. Meningki bu bugungi Ahmetcan Osman efendining programmasini anglagandan keyin vatanning ichidagi bir tarixiy voqealikni bir minut qistirib qo'yishni to'g'ri topdim. Tarix qoldirish bizniki hozircha eng yaxshi bir tarix qoldirish atkiga. 1994-yili Qashqar shahar Yavaqdagi Qashqar viloyati sud mahkamasida 4 balning ochiq sud ochildi. Sharq Turkiston hukumati nomida bir tashkilot bo'lgan. Abidjan qatorliq 4 yil Qashqar pedagogika institutining o'quvchisini asos qilgan, Abidjan asos qilgan Obul Qosim advokat degan odamning o'g'li O'stanvoyda uyi o'tirishliq. 4 balninki ochiq sud ochildi. 500 ga yaqin Uyg'ur xalq qatnashdi. U 500 ga yaqin odamning ichida men Urumchidan ta'tilda o'qish kelib qatnashgan Germaniyalik ozodlik tashkilotidagi Olimjon Mehmet men bu sud qatnashgan naq maydonda bor. O 4 bola Sharq Turkiston Cumhuriyeti nomidagi bu tashkilotni qurgandan keyin Abidjon rais bo'libdi. Qolgan 3 bola o'xshamagan vazifani Qashqar xalq bog'chisining ichida xiyoliy bu tashkilotni qurgandan keyin pashulab bu bal tutilib ochiq sudga chiqibdi. Biz 500 odam o'sha ochiq sudga qatnashgan. O Abidjon advokatning balasi o'g'achqa aqlash vazifasini advokat o'zi olgan. Mushu Ahmetcan efendimga o'xshash, Yaponiya boshqa yer so'zlaganga o'xshash nurg'un ta'kidlar bilan o'zininki umid ishonch borligini Sharq Turkiston Cumhuriyatini qurishga, shuning uchun bu yo'l manganligini bu bal so'zlagan 5 odamning hammasi o'tirib chaqirgan. To'rtchimi 5 yilning ishida turib qolgan, yarim soatdan ortiq.
Alimcan Mehmet'ten aldığım yıl sorsam o bala Ürümçi 3. fırmada ölep gitti deydi o fırmdan içinde. 16 yıl kesken şu vaxtıda. Mana şu Abidcan bu okşaş. Barın inkılabıdaki 14 yıl kesilip ketken meni Ürümçi bir okulan bir savak dışım ama tarih tepkiliş için vaxtını uzarap ketdi demeslikini ümit kılma tecelli efendimninki. En toçkısından Ürümçi ıslı boladı. mektepte birge okugan Abdülkerim Davut degan savak dışım 14 yıl kesilgen barın vakası çıkan şu barın degan jutta neme üçün bu bar küçük etmeydiğen inkılaplı kılıdı bula dep sorsam çeteldikiler Amerika ayrı kılalıdır küçük bizge yardım bir degan ümidimiz var şuna olap kaçan kadar koptum. Bu sualını sorap dep degan. Onundan başka ben Uygur akademistki Ahmet Calla ve ağaylar bilen tanışıma bütün Ali mektep ballarını kozgap bir ay açlık ilan kılıp yeti varsam BDT arlaşıp vatanını azap tutturduk yerinde şu namayış değerli kök bayrakma aldığını kasem içip ağaylar men bilen işleyatkan Ahmet Calla kaçıp çıkıp gençler kayıtmalı. Uygur akademistki Ahmet Calla kuladılar. Şu vaxtda bizge Dalai Lama'nın başkanının sırtını köstüp rıhbetlendirdi. Bunun bilek biz turmak kirgendin kin inkılap kılgan balıyla moğluş baktık. Ne için müşinçiler bedel tölesini töldün ma? Kişi etmeydiğen havadı Xitay bilsek, biz bilen Xitay oturысы da müstakillik oturысы bir an var. Bu anını bizden kalımız artık toşkusu bu menzillik eğitimiz digen. Müşinda bedel töleşle emeli tarihini dedim göz aldığımdaki 100 malıgan tarihi var işte. Bugünkü neçimilin insandan tur. Minamı az digende onlar tutup. Hemimizden var. Hoş. Bu evvelda Yeni Ahmetcan Osman Efendim hükümetlik nispeten şunçular ümit bağlığa evvelda bu parlamentin vazife ağalının çıkının çetellikle bir izip ama inkasta. Çetelliklerini kirgizip bunda paspalet düşürüp koygan her bir çeteldeki Uygur yoki kişinin 5 o'ttirisini vatqa Uygur men çoğga vaqtida tarixni yezilib qolmaslik uchun yangidan bir safarbarlikka kelish kerak deb qarayman. Uygur davası, Sharq Turkiston davası Allah teşkilat ichidagi oldingi septimayotganlar ve Uygur xalqi kuchtirib o'tirishga da'vo. Uning yeniga har qanday bir odam shaxs yoki maqsadga kirgizgan inson bence cehennemden o'rin oldi deb o'ylayman. Ahmetcan Efendim'ninki çekken cefayıga Allah çeksiz ecir versin deyman. Rahmet eytime. Oladı sizge köp rahmet Allah razı olsun. Rahmet Allah razı olsun. Sözünü sizge berim Ahmetcan Efendim. Abayqı sözünüz kesilip ketdi telefon kep qilib shunda. Nima? Rahmat. Endi nim deymiz? Qandaqlı bo'lmasin. Sharqiy Turkiston milliy mustaqilligi, Sharqiy Turkistonning egilik huquqi. Xo'sh. Yenilam Sharqiy Turkistonliklarning vatan ishida bo'lanmasimi, vatan sirtidagi surgundagi hukumati orqali qo'lga kelish ehtimolligi bak cho'ng bo'ladi va qonunliq bo'ladi deb o'ylayman. Deb qarayman. Sharqiy Turkiston surgundi hukumati degan vaqtimizning o'zida biz oldi bilan Sharqiy Turkiston davlatini, Sharqiy Turkistonningki besilingan zaminini, Sharqiy Turkistonning mustamlik qilingan xalqini degan bo'lamiz shu hukumatning to'g'ri olgan vaqtimizning o'zida. Shunga Sharqiy Turkiston surgundi hukumati biz saqlab qolish oldi bilan Sharqiy Turkiston surgundagi parlamentini saqlab qolish bilan zid munosabat. Shunga Sharqiy Turkiston surgun parlamenti haqiqiy, mukammal, ko'lamli, qonunliq yo'sinda barpo qilinsa, bu parlamentdan haqiqiy funksiyalik, iqtidorli kuchli hukumat barliq bo'ladi. Bu vaqtning o'zida bu hukumat xalqqa vakillik qila olmaydiganligi uchun Sharqiy Turkistonliklarga u chaqda xalqaro jamiyatning oldida vakillik salohiyati bilan nurg'un ishlar qiladi. Ben bir misal vereyim. Mesela Sharqiy Turkiston mustaqilligi ve Sharqiy Turkistonning egilik huquqi kuchsiz qo'lga kelmaydi.
Qurolliq kurashsiz qo'lga kelmaydi. Nima bo'lishdan har qanday sharoitda. Endi bu qurolliq harakat bo'lish uchun armiya bo'lish kerak. Lekin bu armiya oldi bilan davlatning armiyasi bo'lish kerak. Hech qanday bir tashkilot, hech qanday bir jamiyat va partiyaning armiyasi bo'lmaydi. Armiya degan davlatning o'zi. Şuna Şarkı Türkistan'ın devletinin armiyası, sürgündeki armiyası, şu Şarkı Türkistan devletinin sürgündeki vakaletçisinin kolunu buluş gerek. O vakaletçisi ne? Devletin vakaletçisi sürgündeki hükümeti. Şuna Şarkı Türkistan sürgündeki hükümetinin armiyası bolsa, muşu arkalık anandaki Şarkı Türkistan müstakillığının kolunu gelişteki aldığı şartı kabalet bir olur. Lekin bu armiya Şarkı Türkistan sürgündü hükümetinin armiyası kuruluş için, berpa buluş için, barlıq geliş için oldu bilen Şarkı Türkistan sürgündü hükümeti şu armiya vekillik kılıdığın halkla vekillik kılış gerek. Devletli vekillik kılış gerek. Ondaqken Şarkı Türkistan sürgündü hükümetinin vekillik karakteri yanılan, demokratik ve keng kölemli halk seferberliği sayılımı bilen barlıq kıldığı parlamentning oldingi shart qilib. Shunga mening hozir shunday bir parlamentni barliq keltirish uchun ma'vo hozirgi bu qonunsiz, kuchsiz, oz, passiv, bekinma bu parlamentni tartishimdagi maqsad shu. Bu mana shunday kuchli bir hukumatni barliq keltirish va shundaqla mush hukumatning va mush hukumat vakillik qilgan davlatning bir armiyasini berpa qilish. Endi mushu hukumatlar mushdaq bir armiyani berpa qilishga salohiyatli. Men o'tganda Turkiyada bir so'zni so'zlasam, nurg'un qarindoshlarimiz xato tushunib qoldi. Men u so'zda davoni faqat Sharq Turkiston sudini hukumat qilish kerak degan emas. Undaq demagandim. Bu so'zim xato tushunib qoldi. Mening deganim qurolli harakatni shundaqla Sharqiy Turkiston davlatining armiyasini faqat va faqat Sharqiy Turkiston sürgün hukumat qila oladi demoqchiman. Chunki bu armiya davlatning bo'lgandan keyin u hukumatning bo'ladi. Bu hukumat xalqning bo'lganligi uchun shuna bu hukumatning ashundaq bir armiyani qurish salohiyati bo'ladi va shu armiya orqali xalqaro jamiyatlardami shundaq bir armiyani qurish uchun yordam talab qiladigan salohiyati bu hukumatning salohiyati bo'ladi. Chunki har qanday bir tashkilot, jamiyat armiya qurman desa, boshqa davlatlar nima deb o'ylaydi uni? U milisha o'qanmanda. Qurolliq kuch Xitoyning buntanlarida kuch bo'ladi bu. Unchalik bo'lanmaydi-ku endi. Shunga davlatning armiyasi bo'lish uchun hukumatning armiyasi bo'lish kerak. Hukumatning armiyasi bo'lganda u haqiqatan bizning mustaqillik harakatimizninki armiyasi bo'ladi. Bo'lmasa har bir tashkilot, har bir jamiyatning armiyasi bo'lsa, ertaga biz ish ko'rishga ketamiz. Vaqt kelganda ishki urushga patamiz. Her bir tashkilotning, har bir jamiyatning armiyasi bo'lsa, qurolli kuchi bo'lsa, ertaga siyosiy bir to'qinishlar bo'lib qolganda bir-biriga etishib ketmaydi. Ishki urush mushtlab patlaydi. Shunga ishki urushning oldini olish uchun armiya cho'qim davlatning bo'lishi kerak. Davlatning bo'lishi uchun surgundagi hukumatimizning armiyasi bo'lishi kerak. Yani abay degan so'zlardagi bizning bir planimiz bordi degan plan bu mu? Ben onu demeyi oldu. Ya da cevap vermeysin. Elbette. Bo'ladi. Çünkü bizim işimizni ish qilmoq taskan nurg'un maxfiy ishlarmikin şu a'zolarning şu ya onun üstüne sözlerini bilib ettim Tecelli Efendi. Hiç yok sözler. Ben Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin prezidenti buluş salahiyetim bilen, sütüm bilen, ben nurg'un ishlarda ba'zi maxfiy tutishim kerak. Elbette. Bu mahfiyetini fakat ya ben özem işengen, özem demesem bulmaydı, deyişke layık görgen, adamlarga der, demeydiğen adamlarga demeslik hukukum var mı yok mu? Prezident bu salahiyetim bilen. Çünkü bu bir devletin mahfiyetli bulduğun ahırda. Prezidentler emas, her qanday savolga, her qanday kişinin cevap vermeslik hukuku var elbette. Endi, beni bu parlamentkiler, bu hükümetkiler, ücür-bücürü, çoğun küçük işlerinin hemini bizge mesele sanırsa, bizge mesele sanmadın der, beni hazır
Bularninki intizamsızlık kıldı. Mesele samimi degan gapning maqsadi ma'lum. Shuni otamlar. Tushundim. Hükümetimizde bazı adamlar var. Ben uçuk devrey, halkımın aldığında bazı neslerini uçuk demesem, halkımga doğru düşündürmesem bulmaydı. Bizden hükümetimizde ve şundaklı başka teşkilatlarda mı şunda bazı başka devletlerge bağlanıp kalgan kişilerimiz var. Uçuk aşkar devrey. Bu bek muhim bir tema aslında. Şarkı Türkistan'ın devlet mahfiyetligini, davanın mahfiyetligini, hükümetinin mahfiyetligini bazıda aşında adamlardan mahfiyet tutmasak bulmaydı. Bu mecburiyet, burç bizdeki züruriyet. Şuna Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin prezidenti her kandak vaxtıda ondak meselesini çıkıp gitmeydi. Bulmasa ondak çok mahfiyetle içilip gitmemdi. Anda olurdu. Sizning baştaki sözünüzdeki bunu biraz təgeyli. Çünkü bu biraz ig'ir ve millet bu sözden keyindin jiq tefekkür kılıvatıdı ve gep kılıvatıdı ama teşkilatlar rehberleriga teşkilatlar uçuq diyemedidu. Teşkilatlarning şu devlet hükümetiga beqinib qilishi yoki shuningki qo'li uçup qilishi meselesi. Bunu biraz açayım bir 2 minut. Ya hazır bu yerde açmaydı efendim. Hem bu yerde işini kutlasak bunu olsun. Ben bir teşkilatның emas, qanday olsun bir tarafның, davadaki bir tarafның adımı boğanlığım için ben hem de bu gaplarni tessem başka taraflarni, başka teşkilatlarni, davadaki başka liderlarni veya ki başka şahsiyetlerge hücum qilganda ko'rinib qolmaydi. Şuna birligimiz için, yenilan birligimiz için, bizning birligimiz için, davayımızın birligi için, teşkilatlarının birligi hamkorlashi için yani bu gapni ben bu sorunda taşıyıp turaman. Boludu albatta boludu. Yani her qandaq bir savolga javob bermislim boludu. Javob bergiler kelmese. Çünkü men bu yerda savol so'rab sizdan qanchalik tag'im ko'p meva, söz, ilm ve yo'l ilib olsak buning foydasi bor deb men kallamga kelgan savolni so'radim. Xo'sh. Xo'p, xalqqa, ko'rguvchilarga bu ekranning oldidagi qarindoshlarımga, vatandaşlarımga bir misal vereyim. Ötkende Türkiye'de Binali Yıldırım'ınki bayanatı yadınladı var. Hoş. Xitayning zemin bütünlüğünü hürmet kılmaganlık yani Xitayning zemin bütünlüğüne yakıl teröriz yetkizgenlik terörizmden ibaret buludu. Şuna biz Uygurlar muşundaq terörizmlik hareketlerini qilib qalsa biz yaxshi muomala qilmay qolamiz Uygurlarga degandek mustaq ma'nida bir bayonot berdi. Men bir narsani deyim. Dünyada hozirgacha hech qanday bir davlat Jungoning Xitoyning zemin bütünlüğü bilan Sharqiy Turkistonning mustaqilligini birlashtirib tahlil qilgan davlat yo'q. Hech qanday bir tashkilot, hech qanday bir shaxs yo'q. Endi Sharqiy Turkistonliklar o'zininki zemini, besib olingan zemini, o'zining talon taroj qilingan egilik, huquqi, qo'lidan ketgan mustaqilligini asliga keltirish uchun kurash qilsa, bu Xitoyning zemin bütünlüğüne hurmat qilmaganlik hisoblanib, terrorizm bo'lib, bu ayiblansa, bu qandaq mantiqa va qandaq bir logika bu. Mana mushundaq qanlashmagan logikini, qing'ir logikini, mantiqini Binali Yıldırım bizning Türkiye'de qarindosh davlatimiz, bizning Türkiye'den başka bunda qarindosh bizning davoyimizga strategik davlat yo'q dunyoda. Mushundaq bir davlatning bosh ministri mushundaq gapni qilgan vaqtida biz hukumat nomidan tezlam bayonot e'lon qildik. Ayıplar Binali Yıldırım'ның bu bayonotini. Elbette ayıplayımız da biz Şarkı Türkistan sürgün hükümeti Şarkı Türkistan'ın iyilik hukuk için kuraş kılıvattımız. Şarkı Türkistan'ın zemini için kuraş kılıvattımız. Hem de muşkulişimizde sen terörist bulsa bunda kısa diyen bir adamga o ne buluşundan katli nazar Türkiye'nin baş ministri olamdı, Amerika'nın reis olamdı. Ne mi buluşundan katli nazar biz onunla yeterli cevabımızı veremeyiz. Bunun Türkiye'de nurgun teşkilatlar karşı çıktı bu sizin bu bayanatınızda. Endi
Endi mushundaq bir bayonotda bizning Sharq Turkiston sürgün hökumetining bosh ministri qarshi chiqdi. Mushundaq bir bayonotning berilishiga. Ham mana xat yozib, ayrimxonamga xat yozib, mushu bayonotim uchun men yana qarshi aksi bayonot berma degan tahdidni misoldi mana. Demak bu yerda Sharq Turkiston sürgün hökumeti bundaq bayonotga qarshi bir bayonot e'lon qilinmasa, bundaq bir bayonotni ayblayolmasa, bu qanday hukumat bo'ladi bu? Qanday Sharq Turkistonlikning hukumati bo'ladi? Sharq Turkistonning egilik huquqini qo'g'daydigan hukumat bo'la olamdi? Ziminini qo'g'daydigan. Yani bunun ötken sizler jığın açtığınla olam efendim Türkiye'de bir kaç gün leksiya uğurlaştı. Türkiye hükümetinden mi bir besim oldu mu bu bayanatlık nispeten? Yok mu? Türkiye hükümetinden besim onda çünkü Türkiye hükümeti Sharq Turkiston sürgün hükümetini e'tirof qilmaydi. Şuna bu besim udul bizga kelmaydi. Lekin bu besim bazı taraflar ve bizning tashkilotlarimiz ve adamlarimiz orqali bo'ladi bizga. Tushundingmi? Bo'ladi. Yani bu armiya meselesinde men mi hata tushunib ekanman herhalde. Şu vaqtida söz biraz ittik chiqib qolganmi sahnada. Yani armiya, yani Sharq Turkiston xalqining mustaqilligini qo'g'dashda o'ttirg'i chiqadigan qurolliq harakatni faqat birdan bir Sharq Turkiston sürgün hükümetilam qila oladi deganlar herhalde men unutib qolmagan. Albatta. Men shunda deganligi xato tushunildi bu. Shunda degan vaqtida men o'ylagandim, bu biraz hokim mutlaqlik bo'lib qoldimi qandaq veya ki cho'qim bu endi biz Yevropada yashayapmiz, demokratiyaning nima ekanligini bu yerda ko'ryapmiz. Boshqa to'g'ri deyla efendim. Gapiringni uzib oldim. Xo'sh, so'zlasa. Evet. Yo'q, so'zlasa, gapim tugadi. Ben abi askertim bunu düşündürdüm. Mesela Sharq Turkiston İslam Partisi qurolliq bir tashkilot, shundoq ku. Xo'sh. Nayt asallam terrorizmga bog'lanib kelib bo'ladi bunda. Xitoy qildi buni. Amaliyot undaq bo'lmasin. Buningdan boshqa tashkilotlar deydi. Lekin dünyada men sizdan so'rab boqay, bir hukumatning, bir davlatning armiyasini terrorist armiya degan gapni anglaganmisizlar? Yo'q, unda bir ish bo'lmaydi. Unda ish bo'lmaydi. Sharq Turkiston sürgün hukumatining davlat mudofaa ministrligiga tabe bo'ladigan bir armiyani hech qanday bir davlat Xitoyning o'zini oldirib terrorist deb atayolmaydi. Hech bo'lmadi deyishgan. Dünyada bir devletinin armiyası, bir hükümetinin armiyası terörist armiya degan gap bo'lmaydi. Çünkü bir hükümetinin, devletinin armiyası bo'lishi shart, zarur. Şuna Sharq Turkiston sürgün hükümetinin tabi, şunun qo'l ostidagi ma'rif deymiz, davlat mudofaa ministrligidagi tabi bunday bir armiyaning qurilishi buni faqat Sharq Turkiston sürgün hükümeti qilsa, qonunli bo'ladi. Xalqarodimi hech qanday bir taraf Xitoyning qo'li bilan uni terrorist armiya deyilmaydi. Yani bu yerda masalan o'tgan qitimliq programmamizda biz Dünya Uyg'ur qurultayining muavir raisi bo'lgan Doktor Erkin Akrem Efendi'den ben bu armiya meselesinde sual so'rgan. Kritik suallarning birisi mush edi. Balkim xabarlar bo'lishi mumkin. Nima uchun bu armiya to'g'risida savol so'riladi degan vaqtida albatta men bir narsani o'ylayman. Bugun butun xalqimiz uyg'onayotgan va chet ellik tashkilotlarimiz islohot yo'liga menayotgan, hammaylar uyg'onishning bosqichida ketayotgan mush daqiqalarda vaqtni cho'ng tutib, butun gullar po'raklab ichilsak, butun qushlar o'rtaq sayrsak degan maqsadda va xalqimiz ham umid qilayotgan bu armiya qurish masalasiningki bu o'yliqqa chetga qoladigan bir masala emasligini ko'z tutib, men bu savolni so'rgan savolga 3 xil shart bo'lgan vaqtida qurolliq armiya qurilsa bo'ladi degan javobni oldim. Bu shartlarning ichida ammo sildayotgan Sharq Turkiston sürgün, yani bir hükümet kurulup hükümetinin kol astıda
degan bu narsa mencha deyilmidi, agar unutib qolmagan bo'lsam. Demak, bu o'xshamagan ko'z qarashlar bo'lishi mumkin, lekin bu mening ko'z qarashim edi. Albatta. Ya'ni ammo men sizning so'zlarga diqqat qildim. Ya'ni har tashkilot o'zi qurolli armiya qurib oladigan bo'lsa, keyin bu ichki urush bo'lib qoladi. İnşallah eğer hazır efendim tecelli Ruslan efendim hazır. Çünkü kural yok. Biz birleşemeyotimiz. Şundaq men Yaponiyaga bütün xalqaro xarakterga ega bizning cho'ng tashkilotlarimizning liderlarini chaqirdim yig'inga. Bir kelmadi. Biz tashkilotlarimiz qurolsiz dahi, bir yerga kelolmayotimiz. Eğer hemmisi qurolli bo'lib ketgan vaqtida bir yerga kelanmaslik mushundaq bir vaziyat tug'ilib qolib, lekin yeni bir yerdan siyosiyatin bir yerga kelishdak mushundaq majburiyat bo'lib qolgan vaqtida bir-birimiz bilan etishib ketmamdik. Albatta. Bunun sebebi nima? Bunun sebebi har qanday bir tashkilot, jamiyat, armiya qurish haqqi bo'lmaydi. Armiyani faqat shu davlatning hukumatini quradi. Chunki u davlatning armiyasi. Sharqiy Turkiston davlatining armiyasi. Milliy armiya deymiz shuni. Milliy degan gap bizning tilimizda davlatlik degan ma'noda. Unda bo'lganda hozir mavjud bo'lib qolgan qurolli tashkilotlar agar bo'lib qolsa bir yerda, mayli Sharq Turkiston Islom partiyasi bo'lsin, mayli boshqa tashkilotlar bo'lsin, sürgün hukumati ya uni qo'shib oladi yoki uni e'tirof qilmaydi. Albatta. U cho'qim sürgün hukumatiga, ya'ni sürgün deb nima deb ataymiz deganda, endi bizning vatan ichida hukumat qurilmagandan keyin biz vatanimiz ishg'oliyatda bo'lgandan keyin, mustamlika bo'lgandan keyin biz endi vatan sirtida, erkin dunyoda o'zimizning hukumatini qurib, shu hukumat Sharqiy Turkiston xalqiga vakillik qildi deyalisak. Agar bunday deyish uchun shuni biz keng ko'lamli umumiy ommaning safarbarligi bilan parlament quramiz, shu parlamentning hukumat chiqsin deyapmiz. Mushundaq bir hukumat, funksiyalik hukumat barliq kelganda, mushu hukumatning armiyasi bo'lsa, shu davlatning armiyasi bo'lgan bo'ladi. Chunki bu hukumat shu davlatning hukumati, Sharq Turkiston davlatining hukumati. Uningdan boshqa hech qanday bir tashkilot, jamiyat, mayli u nima bo'lishidan qat'iy nazar, uning armiyasi qurolli kuchi bo'lsa, bo'lmaydi. Ya'ni agar da'vo buni mushundaq bo'lishi kerak. Sharq Turkiston Islom partiyasida yeni bir narsani dey. Xo'sh. Mening nazarimda bizning da'voyimizning xarakteri nima? Bizning da'voyimizning xarakteri milliy mustaqillik masalasi da'vosi. Ya'ni egilik huquq da'vosi. Xarakterini ilib o'tqavaqtida. Bundaq ekan, bu egilik huquqni, bu mustaqillikni qo'lga keltirishning yo'li nima? O'zimizning hukumatini qurib chiqish. Endi bu hukumatni eng yaxshisi biz mushu xalqaroda harakat qilayotgan Uyg'urlarning davosini, g'amini yeyotgan, vatandagi xalqimizningki g'amini yeyotgan, zulmiga chidamayotgan, shunga qarshi Xitoy qarshi harakat qilayotgan barliq cho'ng tashkilotlar, xalqaro xarakterdagi tashkilotlar yig'ilib Sharq Turkistonning surgundagi parlamentini hosil qila olgan bo'lsa, aningdan keyin mushu parlamentdan hukumat chiqib, har bir tashkilotning rahbarlari mushu hukumatga ishtirok qilgan bo'lsa, demokratik saylam orqali mushundaq bir hukumat barliq kelsa, mana mushu hukumatni butun dunyo e'tirof qilmay amali yo'q. Chunki bu Sharqiy Turkiston xalqining qonunli hukumati. Bütün tashkilotları, bütün xalqi e'tirof qilgan qonunli hukumati. Bu hukumatni Xitoy inkor qilinmaydi, rad qilinmaydi. Bütün dunyo e'tirof qilish kerak. Bo'ladigan bir hukumat. Mana mushu hukumat andan keyin o'zining armiyasi orqali o'zining vatanining mustaqilligi uchun kurash qila oladi. Rahmat. Nayt esil so'z bo'ldi bu. Agar Sharq Turkiston Islom partiyasining odamlari, a'zolari parlamentga kirmandisi bunun qanday qaraydi? Albatta qizg'in qarshi oladi. Lekin
Sharqiy Turkiston davosininki va Sharqiy Turkiston xalqining qimmat qarashi bo'yicha bo'lishi kerak. Bundaq aytgan vaqtida Sharqiy Turkiston davosi degan gap Sharqiy Turkistonning zimini, Sharqiy Turkiston xalqining egilik huquqi uchun qilinadigan davo. Shunga mushu prinsiplarga Sharqiy Turkiston Islom partiyasi kelgan vaqtida onundan keyin qarshi e'lanadi. Bütün davadagi taraflar qarshi e'lanadi va shu armiya avtomatik holda Sharqiy Turkiston davlatining armiyasining ichiga kirib ketadi. Ya'ni bugungi kunda Suriyada tashkilotlar bor ya yo'q demayman shaxsan men. Buningki siyosiy bexatarligini qo'g'dash yuzasidan. Agar shunda bir insonlar balkim bu yerga kelib va yoki ma'lum bir zamindan foydalanib bu yerda turib qolgan, agar mavjud bo'lib qolgan taqdirda bu tashkilotlarmi sizning so'zingizga qaraganda Kanadada baş prezident bo'lgan, ya'ni Yevropa ellari bilan quyuq aloqa, Yaponiya, Amerika bilan quyuq aloqa qilayotgan bir demokratik bir tashkilotning ichidagi bu milliy armiyaga qetilaman deb qolsa, ya'ni sizlar u qurolli tashkilotlarni ma'qul deysizlar, ya'ni qatsizlar shu ya'ni. Albatta bu qanday qilgan bilan hojim. Xo'sh. Qanday qilgan bilan Sharqiy Turkiston Islom partiyasi Xitoy uni terrorist deb ba'zi davlatlar uni terrorizmga qalpog'ini keltirib, terrorizm listasining ichiga kirgizib qildi, shundaqmi? Shunday. Lekin biz unda qaramaymiz. Bu bizning tashkilotimiz. Biz terrorist demaymiz Sharqiy Turkiston Islom partiyasini. Nima uchun deganda, u eng oxirida yana Sharqiy Turkiston xalqining ozodligi uchun, Sharqiy Turkiston zamini uchun kurash qiladigan bir partiya bo'lsa, albatta uning qurolli kuchi Sharqiy Turkiston davosining qurolli kuchi bo'ladi. Lekin men avay deganda Sharqiy Turkiston zaminining Xitoy tajovuzlaridan qayta Sharqiy Turkiston xalqining egiligiga o'tish uchun, Sharqiy Turkistonning egilik huquqi qayta asliga keltirish uchun kurash qiladi ekan. Bu partiya va armiya bu Sharqiy Turkiston xalqining davosining partiyasi va armiyasi bo'ladi. Aniq bo'ldimi? Endi bekini qoldi. Ya'ni xalqimizda bir tamtirash, ya'ni bir qichish masalalar bor ba'zan tashkilotlarga nisbatan, ammo nurg'un tashkilotlarning yaqindan beri ifodalarini ko'ryapmiz. Sharqiy Turkiston jihodi, Sharqiy Turkiston masalasi, Sharqiy Turkiston xalqining mustaqilligi va erkinligi va dini uchun kurash qilish tarafiga mengayotgan tashkilot boshliqlarini va qurolli tashkilotlarningki puroqlarini ovozini anglatamiz. Inshaalloh bu sizning bu javob bilan ular taxmi jasoratlangan bo'lishi mumkin va yoki ma'lum bir yo'lni yoki bir plan tarafga menish mumkin deb qarayman. Bir telefon kelib qoldi, undan keyin so'zni sizga bering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ovozingiz biroz bo'sh, unligiroq so'zlasangiz bo'ldi. Albatta bo'ladi, so'zlasizlar, bo'ladi. So'z qilsizlar bo'ladi. Gap qilayman? Bo'ladi. Bo'ladi. Programmani taqib etib, shu telefondan bevosita so'z qiling. Qarindishimiz programmani bir boshdan ko'rib, bir boshdan telefon qilyotdi. Oraliqda 10 sekund, 10 sekund vaqt bor. Balkim qayta telefon qilishi mumkin. Shu vaqtda yana davom qilsak bo'ladi. Xo'sh. Demak, yana bu yerda bugungi programmada nihoyat tarixiy bir cho'ng bir qadamninki maslahatimi va yoki
qadam tashlanishimi bo'lyotdi desak bo'ladimi bugun? Ahmetcan efendi. Bunu da elbette. Çünkü Xo'sh. bu krizning sababini shu tuğu. Mesela biz hozir Shu programmani taqdim telefonda da gap qilasizlar. Qo'sh davom qilaverasizlar. Men telefondagi kishiga deb qo'ydim. Bu kriz tüpeyledin işkeylen sohbet çıktık ekranlarda. Bunun sebebi nima desa şu kengaytirilgan bir parlament şekillendiriş, saylam o'tish, umumiy xalq saylami, safarbarlik keltirib saylam qilish, betaraf bir saylam komiteti tashkil qilish, bu parlament xalqning parlamenti bo'lish, bundan chiqadigan hukumat xalqning hukumati bo'lish degandek bu bak cho'ng qadam, albatta bu cho'ng qadam. Uningdan boshqa biz qiladigan halqılık işlerimiz, bo'libmi qurolliq kurashga munosabat ishlarimiz yanalam shu hukumatga bog'liq bo'lganligi uchun. Lekin bu qandaqdir TikTok odamning qurib olgan hukumat bilan bo'lmaydi. Unda hukumatni xalqimi, Uyg'ur xalqimi, xalqaro jamiyatni e'tirof qilmaydi. Endi u haqiqatan Turkistonlikning hukumati bo'lgan vaqtida u xalqaro jamiyatni uni Sharqiy Turkiston xalqining hukumati deb e'tirof qilishga majbur bo'ladi. Ya'ni e'tirof qilishning yo'li shundoq boshlanadi. Bu shartni hozirlamay turib, biz xalqaro jamiyatning bizning hukumatimizni e'tirof qildirilgan yo'lini mangmaymiz. Shunga biz sizlar degandek nihoyatda muhim cho'ng bir qadamlarni musobatda bosqich deb o'ylayman. Mushmallarni deb qarayman. Rahmat. Hozir İlyar Şemsiddin efendim xat yozibdi, inkos qilibdi. Aslında telefon qilgan bo'lsak ham yaxshi bo'ldi, ammo ya'ni bu sizning hukumatningki muavin bosh ministri, shunami? Sharq Turkiston parlamentininki muavin raisi. Ha, Sharq Turkiston parlamentining muavin raisi İlyar Şemsiddin efendim yozibdi. Ahmetcan efendim Ahmetcan'a bu hukukni kim berdi? Yani parlament taqit hukukunda bu bir. İkincisi bunu kim bilen maslahatlaştı depti. 30'dan oşuq vekilininki sayılışıda 3 yılının yağı özünü prezident dep yürüyen adam hem de hükümetini köpeytip buzg'unchilik qilish maqsadi bormi qandaq deb bu şekilde bir savol so'rabdi. Yani baştaki meseleге qaytib keldik ham bu. Chunki bu sizning hukumatninki parlament boshliq bo'lganligi uchun o'qishga majbur bo'ldim bu savol. Xo'sh. Menimcha buning javobi chiqib qoldi deb o'ylayman so'zlashganimizning suhbatidan. Albatta. Lekin shunda bo'lsa-mu, men yana qayta bir deb o'tay. Birinchidan bu huquqni, ya'ni parlamentni tarqitish huquqini oldi bilan mana Sharqiy Turkiston xalqi berdi. Çünkü bu parlament Sharqiy Turkiston xalqining parlamenti bo'lishi kerak emas. Sharqiy Turkiston xalqining parlamenti bo'lmagan vaqtida men shu huquqni ishlatishimga to'g'ri keldi. Ikkinchidan, Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti asosiy qonuni berdi menga bu huquqni. Chunki Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti asosiy qonunining 17-moddasida burunqi tekstininki ne hesap alganda 19-moddasi sürgündeki Sharqiy Turkiston parlamenti a'zolarining soni 60dan kam bo'lsa bo'lmaydi degan shart bor. Hozir bizning parlamentning a'zolarini sanab kelsa 78 sanay oladi İlyar efendining o'zini. Bu qanday xalqning parlamenti bo'ladi? Bu parlament qanday ish qila oladi? Bu parlament qanday qilib xalqqa vakillik qila oladi? Xalqqa ichila oladi? Andan keyin bu parlament qanday qilib Sharqiy Turkiston sürgün hukumatiga vakolatchilik huquqini bera oladi? 7 parlament a'zosi bor bir parlamentning hukumati xalqaro jamiyatda nima deya oladi? Tashkilot davlatlarning oldida. Shunga bundaq parlamentni tarqitishning huquqini menga ikkinchidan Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti asos qonuni berdi.
Rahmat. Nizamiddin Temkin efendim Sharq Turkiston Ulamolar Birligining a'zosi va Ma'rif tashkilotidami yaqindan shu yerdami o'ziniki ta'siri bor bir kishi hamda tor dunyosida. Bu kishi siz Istanbulda bor vaqtingizda Milliy shuro yig'iniga chaqirgan bo'lsinmi? Yani Ma'rif jamiyat chaqirgan bo'lsin kelmadingiz debdi. Bu savolga nəhayət qısqa bir cavab verib etib, ondan keyin nimamizin davam qilsak. Allah üstünde Allah turuptu. Yine Allah'ın namıda men Temkini efendimge sualıga cevap vereyim. Xoş. Men Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği, yak Şarkı Türkistan Ma'rif Cemiyeti, yak Şarkı Türkistan Ülemalar Birliği olamdı. İşgalip bu Şarkı Türkistan Milli Şurası, Birlik Şurası ne teşkil kılan, sahiphanlık kılan taraftan bana hiç kandak bir teklifname kemmedi tapşırıp anladım. Mesela İsmail Çingiz bizden hükümetteki İsmail Çingiz'i verilipti. Tapşırıp yaptı. Başkalar tapşırıp yaptı. Elbette o hükümetin namı demez. Elbette İsmail Çingiz'in şahsi namı da. Lakin ben hatta şahsi namımdı mı bununla teklifname tapşırıp anladım. Allah, üstümde Allah Allah'ın namı da kasem işittir dey buldu. Allah razı olsun. Yani bu doğrusu inkasla yamancık çıkıp ketiptiken şu ben bu sualını sordum. Nizamiddin efendi hem de öz telefon kılamdı yoki bu sözden yoki qaytarib bilishi yoki bir to'g'ri tushunish kerak deb o'ylayman. Xo'sh. Yani bu abaysiz bir gapni deb o'tib ketdilar. Sharq Turkiston surgun hukumatininki bu xavfsizlik organi qurish kerak dedilar. Bu asli bizningki bu millatda, chet elda bizning eng chong ojizligimizdan birisi. Mushu Facebook'taki fitna fasatını tüketemey kichik bir grup qurib baqdiq, ammo nurg'un fitna fasatlı bo'lib, nurg'un ishlar bo'lib, hatto xoinlar bor masalan davlatlarda. Masalan Gollandiyada xoinlar bor. Ochiqdan ochiq. Ammo bugunga qadar buni ya bir hukumat tizimlamaydi, ya'ni bir tashkilot deyli. Yoki buning bir ismi ya ma xoin ya mamanda, chunki isbot bor bu yerda-ku. Xoinlik endi hukumat tutgan xoinlar bor. Bu to'g'riliq bir arxiv qoldirdigan yoki bunun bir tedbir qo'llanadigan bir ishlar bek muhimdi. Bununga nisbatan sizlar bay shuni deylar, bu qurilamdi yoki qurilgan bir narsami? Xavfsizlik. Bu hozirgi ish qurilgani yo'q. Lekin qurilish kerak, zarur bo'lgan bir ish. Lekin buni albatta biz o'zimiz qurishimizga to'g'ri keladi, o'zimiz quramiz. Agar imkoniyat bo'lsa birer devletning yordami bilan quramiz. Çünkü bu yine ahirga berib harbiy bilimlar ve harbiy texnikalar ve münasebetlik ananlikin devletlerinin tecrübesiga ehtiyojli biz bunun için. Şundamız. Elbette. Şuna bunu qurish uchun yine qurdiğimiz özümüz bizning davoyimizda biz özümüz qurishimiz kerak. Lekin bunu qurish uchun niyet bo'lishi kerak, iroda bo'lishi kerak. Hozirgi kaygacha davoyimizda bundoq niyet ve bundoq irodani ko'rmadim. Lekin men 20 yil burun bu irodani, bu niyatni qilgan. Bununla ba'zilar guvoh, davoyimizdagi ba'zi liderlarimiz guvoh. 1996 yili men ma'lum bir lider bilan ko'rishgan, uchrashgan ve mushu masalasini muzokiralashganmiz. Lekin mana shu kundan tortib ta hozirgacha bu ish bo'lmadi. Men qilolmadim rostgapni deganda. Ojizlik qilib qoldim. Lekin bu bo'lish kerak, bo'lmaydi. Shuna bunun bo'lishi uchun yana xalqimizga havola qilishimiz kerak. Ehtiyojimiz xalqimizga tushidir. Sharq Turkiston xalqi, surgundagi Sharq Turkiston xalqi, muhojiratdagi Sharq Turkiston xalqi o'zining parlamentini, şunun bilan şu parlamentni o'zining hukumatini barpo qilib chiqib, buningga qonuniy jihatdan, iqtisodiy jihatdan shunday yordam qila olsa, Sharq Turkiston xalqi
bu çokum kuruludu. Hem kuruluş imkaniyeti buldu. Bulmasa es. Hoş. Yani saylan meselesi mi biraz oçuqlum beribesler. Çünkü suallar intayin köp. Ben bir baştan keley ama kısa. Yani nima uchun İlyar Şemşidin nimisiga bir qırınışımız yazıptı. Bu saylamdan qo'rqdi bular deydi. Rast men shuni o'yladim albay. Şu necha yil saylam vaqtida bir yil sabr qilib saylam orqali bu ish bo'lsin bo'ladi qo'y. Yani nima uchun ular saylam qilishdan yoki oldin saylam qilish masalasi o'tirg'i chiqib bo'lgan tursa, nima uchun bu itti qo'l silishga to'g'ri keldi? Buni o'ylab Abdug'appar hojim bir so'zni yazibdi. Sirtdan bir mudoxala bormi deydi. Yani Xitoy qo'l soldimi bu ishga demoqchi. Davayımızda hazır sözleştik efendim. Hoş. Xavfsizlik organı bulması bulmaydı der. Xitayning xavfsizlik tajovuzchiliğini davayimizdeki, vatan sirtidagi tashkilotlarimizning ichidagi, vatan sirtidagi xalqimizning orasidagi xavfsizlik tajovuzchiligini qandaq bitchit qila olamiz, yoki biz qandaq oldini ola olamiz? Bizning bu xavfsizlik mudofiamiz bo'lishi kerak. Bizning xavfsizlik mudofiamiz bo'lish uchun bizning xavfsizlik organimiz bo'lishi kerak. Mushu organlar kim bilan bog'lanishligini, tashkilotdagi qaysi rahbarlarning qaysi davlatlar bilan chetishligi borligini Xitoy bilan bo'lmagandimi? Nima ishlarning yuz berayotganligini Xitoy qandaq shaklda va usullarda vatan sirtidagi tashkilotlarimiz va davoyimizga yo'chiq echayotganligini, shu yo'chiqdan kirayotganligini faqat bizning shu xavfsizlik organimizlar buni bizga deb beradi. Lekin shunisi aniqki, nima uchun bizning eng halqali jiddiy taqdirimizga munosabatli davoyimizdagi noiti nozik va keskin vaziyatlarda nima uchun tashkilotlarimizning ichida va xalqimizning orasida ixtiloflar chiqib turdi? Nima uchun? Nima uchun krizislar yuz beradi? Nima uchun? Bu savolga faqatlam birla javob bera olamiz. Cho'qim Xitoyning xavfsizlik tajovuzchilik uchrayapmiz. Bu cho'qim. Demak, Dünya Uyg'ur qurultiyi Neşkun'un aldığındaki programmada iki muavir reisinin programmasida 3 kişi meselemiz programma kıldık. Bunun da Ferhat Yorunqaş efendim dedi ki Dünya Uygur Kurultayı Xitay Dünya Uygur Kurultayını parçalaş için ciddi hareket kılavatı dedi. Onu tema kılıp yazıp koyduk. Demek bu sürgün hükümetinin parçalaş maqsadi bor dedingiz ham dedi. Shunda deb tushunsak. Xitoyning eng burun sürgün hükümetni parçalash yo'q qilish maqsadi bor. Chunki sürgün hükümet degan ismidilla aniq qol. Bu Sharqiy Turkiston davlatining hükümeti, Sharqiy Turkiston davlati degan gapdanmi qo'rqinchli gap bo'lamdi Xitoy uchun. Xitoy mustamlikchisi bosqinchi uchun, tajovuz uchun mumkin emas. Shunga bundaq hükümetni parçalash, yo'q qilish, inovatsiz qilish, ishchidan deskettirish Xitoyninki manfaati bilan zich munosabatli. Xitoyning milliy manfaati bilan zich munosabatli. Albatta. Yani bu yerda bir shaxsiy savol tushdi. Men bu savolni so'ramasam bo'ladi, ammo rahbarlarning demokratiyalashayotganligiga qo'shilib va yoki buningdan keyin butun rahbarlar shundoq bir xalq bilan quchoqlashib, xalqqa ochiqlim berib, tuzitib xalqqa o'gitib davom qilsak degan umidda bu savolni so'rayman. Biraylan debdi. Boshqa davlatga borganda chiqimni o'zim to'ladim debdi Ahmadjon Osmon efendi. Ma'qul chiqimni to'lasin, bu pulni nereden topdi? Yani bu chiqimni Ahmadjon efendim nereden deb o'tadi deydi. Yani değil. Men bak nimdayam. Bazı gaplarni degili bo'lmaydi. Sharq Turkiston sürgün hükümetining prezidentining
iqtisodiy ahvoli oshkorlanib qolsa Xitoy uchun yaxshi emas. Xitoy buni mushundoq yo'chiqlardan kiradi. Xitoyning istixboroti, Xitoyning xavfsizlik tajovuzchiligi buni mushundoq yo'chiqlardan kiradi. Sharq Turkiston sürgün hukumatining prezidentining iqtisodiy chatig'i, iqtisodiy ya'ni qarzda yoki qarzi bor yoki iqtisodiy ahvoli nachar, bundaq ahvollar bo'lib qolsa, belki Xitoy meni pulga setib olib ish qilishga oson tushidi deyman, sizdan so'rab boqay. Albatta. Demakki, bu savolning so'ralishi xato va yoki bu savolni so'ragan odam xato. Albatta. Ya'ni bir prezidentninki iqtisodiy ahvolini men nima uchun so'radim? Bu yerda ben yo'shiradigan ish yo'q. Agar mushuni mushu so'rovchiga men deb qo'yaymish yerdalar, ham butun mushundaq savolni so'raydiganlarga Sharq Turkiston sürgün hukumati bosh ministri İsmail Chingiz Efendi'den sorsanglar, buningki hujjatli javobini ola olasizlar. Tamam. Yani men faqat boshqa tarafdan so'radim mesela buni, masalan sizning ishlayotganliklarini bilaman. Sizlar bilan biz masalan bir ko'rishmoqchi bo'lsak, shu davomli ish ekanliklarini bilaman. Haftada 5 kun ishlaydi yordamda qilishchi. Albatta, men haftada 5 kun 40 soat, kunda 8 soat ishlayman. Ishlab turib, o'zimninki oilasini biqib, jinimni biqib, onundan keyin ishini olgan pulimga va shundaqla kredit kartlarimga tayinib jiq ishlarni qilaman. Allah razı olsun. Yani bu jihatda buningdan keyin tashkilot va rahbarlarninki hamda chunki men bir narsani deytay bu yerda. 2015-yili men Sharq Turkiston sürgün hukumatining prezidenti bo'lib saylangan kundan boshlab bir mezgil o'tgandan keyin men nimani tushundim? Meningki prezident salohiyatim bilan qiladigan harakatlarimninki iqtisodiy mablag'i, ya'ni mablag'ini men hal qilolmaydigan bo'lmaydi ekan. Hukumatmi hal qilolmaydi, parlament a'zolarimi, hukumatning qo'llovchilarimi hech qanday yerdan hal bo'lmaydi ekan. Undaq bo'lganda men ya harakat qilmasligim kerak, uyda yetishim kerak boshqalarga o'xshash, yoki bo'lmasa men harakat qilishim kerak, o'zimning pulini hashlasammi, qarz olsammi, qarzga bo'g'ilsammi, harakat qilishim kerak. Men ikkinchi yo'lni tanladim, harakat qilay dedim. Kunlarning birida xalqimiz mening qilgan ishlarimni ko'rib iqtisodiy yordamda bo'lsa, bu ish hal bo'ladi. Yoki bo'lmasa ba'zi davlatlarning ba'zi taraflari iqtisodiy yordamda bo'lib qolsa, bu ish hal bo'ladi degan ishonch bilan men hozirgacha mushlar harakat qilaman. Allah razı olsun. Lekin qanchalik davomlashadi bilmayman. Ben bunu bir tarafını oylab kichik so'rgandim, ammo buning keyindan cho'ngroq javob chiqdi. Masalan, men 2 kun burun bir qarindishimiz Uyg'ur qarindoshlik studiosining ishxonasini ilinibdi. Sizlar Gollandiyada eng to'van turmushda yashayotgan bir faqir odam turib, bu ishxonaning pulini nereden topla deb so'rabdi. Men ochiqlanib ketmay, chiroyliq bu ishxonaninki pulini bir ikki qarindishimizningki yardım bilan uchaylan birlashib to'laganligimni ochiqlab berdim. Ya'ni buni to'riq qo'yib qo'yganligimni to'rdagi hamma insonlar ochiq ko'ralaydigan yerdan qarindishimizni ko'rsatib qo'ydim. Undan keyin dediki u kishi, "Endi ko'nglim amin bo'ldi, ammo men sirtda bir gapni anglab shuning bilan mushtaq so'rab boqqandim" dedi. Shuning uchun butun ko'rurmanlarimizga mishadi deb qo'ysak, aziz qarindoshlar, yani sirtda yiqib yurgan gaplarga isboting bormi deb so'rashni inshaalloh 1000 yildan keyin emas, mush kundan tortib o'rganaylik. Isboting bormi deb so'raylar. Qanday odam bir gap qilsa, isboting bormi deyli. Anglagan gapga ishinib ketmayli, ko'tarib yurmayli. Men buni deb qo'ymoqchiman. Xo'sh, endi hatto Solih Xudoyorning savoliga yapıllıkla cevap verip İngilizce yazıp evet tuttu o xatni. Mende var bir nüsxası xatni.
Şu yerdə eniq depti o. Ahmetcan Osman'a Yaponiya taraftan, hükümet taraftan bulamdı, yoki iqtisodiy, ticari taraflar, şirketleri bulamdı o Yaponiyanın biznesleri. Hiç qandaq yerden pul vergini yoktu. Bununla mı işenmeydi ki? Bununla mı işenmeydi ki? Ya, ben çokum pul aldı ben Yaponiyadan ve bulardan yoşurdu ben. O koçada etilgan söz, ama bugün sizler bu yerde minglarcha adamning oldida isbotliq gap qilyaptilar. Yani Allah. Bunu da mı artık yapılam da efendim? Mesela ben bunu asli ispatlashga mecbur emasman. Nima ispatlashga mecburman? Yok. Seni bir adam seni kopap, sen katil, cinayetçi, sen katil deb sizga tuhmat qilsa, seni özlerinin katil emasligini ispatlashga to'g'ri kelamda? Yok. Yani Aşı seni katil degan katil degan adam avval isbot ko'rsatdi. Ko'rsatish kerak seni katilliklarni. Bo'lmasa bu jinoyatchi bo'ladi, chunki seni qarlagan bo'ladi. Shaxsiyatlarga tekkan bo'ladi. Shundaymi? Albatta. Qarlug'uchi avval isbotni tepib qarlash lozim yani. Hozir meni qarlayotdi bular. Masalan, aniq ism bilan ataverib davrimi. Masalan, hukumatimizda G'ulom Osmon Yag'man, Ahmadjon Osmon Yaponiyadan pul oldi, pul olyotdi deydi. Men so'zlashdim G'ulom Osmon Yag'man bilan. So'zlashsam, siz olyapsiz Yaponiyadan pulni deydi. Voy G'ulomka qandaq olyapman desam, har xil usullar bilan olyapsiz. Uning usullari jiq deydi. Siz nima uchun G'ulomka menga shunday deysiz desam, men sizga ishonmayman deydi. Endi men shunun hammani aqlashim kerakmi? Bu bak qiziq bir javob bo'pti, men ishonmayman degan gap. Men ishonmayman. Prezidentga ishonmaydigan muavin bosh ministr nima uchun prezident bilan 3 yilning yoki xizmat qiladi bir hukumatda? Bugungi programmamiz intayin yaxshi bir programma bo'pti yani. Chiqishlar oydin. Nima uchun? Uningdan boshqa parlament saylamida bormi demishadi. Berib xalq olamida jalselyapti. Yaponiyaga davatdi ishonmaydiganligini. Yaponiyaga davatdi. Biz Yaponiyada hukumat bek nozik muhim ishlarni qilamiz degan gapni G'ulom Osmon Yag'movdan biladi. Shunga G'ulom Osmon Yag'mov bilan men Turkiyaga borgan. Turkiyada ba'zi bizningki o'g'lonlarimizningki ideyasini, ko'z qarashlarini bundaq bir kengaytib, o'zaro suhbat qurib, o'zaro tushunish hosil qilib bir ish qilamiz deb borgan G'ulom Osmon Yag'mov shu. Yani hozir o'zi ekranda bo'lmaganlik uchun buni biroz qisqartaylik bu so'zni. Yani sizning saylagan vaqti bormi? G'ulomkam bormi? Albatta bor. Vaqt ishinamdi sizning saylaganda. Ya aşı meni saylagan saylan vaqtida aşı saylamning o'zida 30 odamning oldida men Ahmadjonga ishonmayman degan. Bilet tashlaganmi, tashlamaganmi yani? O aniq emasmi? Ya onu bilmayman, aniq emas. Bu yerda qarindoshlarimiz yozibdi, Ismoil Chingizni o'z ichiga olgan parlament a'zolarini va G'ulom Osmon nima debdi? G'ulom Osmon akamizni deysak, bir programmaga chiqsa debdi qarindoshlarimiz. Men G'ulom Osmon akamizni shaxsan men burun programmaga chiqish uchun ko'p tirishdim. Buningda sizning xabarlari bor. Hatto sizni bir araga taklif qildim. Bir ko'rishib baqqan bo'lsin deb. Esimda bor. Ammo bu kishi bugungacha mening programmamga chiqishni xohlamadi. Uni nimaligini uqmayman. Ammo Ismoil Chingiz degan bu kishini men burundan bilaman. Ammo men chiqishni xohlamadim. Chunki ba'zan shaxslar hamma odamni chiqqili bo'lmaydi bu yerda. Ba'zan rahbarlar bor xalq uchun xizmat qilgan, ba'zan rahbarlar bor qilmagan. Hech xalq uchun xizmat qilmagan bir odamni shaxsan Uyg'ur qarindoshlik studiyasi rahbar qatorida ko'rib bu ekranga olib chiqmaydi. Uning uchun men bu javobni beraman. Ammo inshaalloh kelgusi zamonlarda rahbarlar, ya'ni yangi saylangan rahbarlar bo'lsin. Chiqishga terishimiz, haqiqatninki endi turishga terishimiz. Bir telefon kelib qoldi. So'zni anglab bo'lib, sizlarga so'zni qaytarib beraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qadrat efendi ba'volar. Yaxshi, so'z qilsizlar bo'ldi, ovozlar o'chiq. Mening bir turg'izgan bir o'zimning bir fikri vardı, so'rab yo'q.
Uyghur halkı hazır bizim ihtiyaclık bir işlerimizni bek bir ayıp izlemesinden onun da münafık olan hayırlık sübet olmasa kemçilikten köçürüp bizim hazır Uyghur halkına hükümetke ihtiyacımız var. Hoş. Meyli Ahmetcan Osman bolsun, meyli Tahmetcan bolsun, meyli Sametcan bolsun, kim bolsa bu iqtidarlı kişiye ihtiyacımız var. Hükümet bolmasa bu teşkilatlar hükümet nefiste rol oynayamaydı. O bir teşkilat mesela nereden küçük teşkilat olsun, kurultayı olsun, mağrib derniki olsun, falan filan fukun olsun, bu devlet kuruluştan simvoluğa bula nimi çıkamaydı. Bizim hükümetimize ulaş gerek. Hükümetine kandalı olmasa bir hükümet kuruşumuz gerek bizim hazır. Uygur halkının bunun bir ihtiyacı var. Demokratik devletler. Doğru. Hoş. Bu hükümet bulmayken bu teşkilatlar her kanda meyli kurallık teşkilatlarımız meyli demokrasi, meyli padişahlık, meyli haliflik neymi olsa bu oturdu itiraf kılınmaydı. Biz halkara vaziyetke masışımız gerek. Hazır biz 25. asırın başlanışıda dünyanın en terekkü kılgan zamanıda. Onun yüzünden biz hazır aramızdaki ihtilafını tüketip kıymaktan kırk taklamay. Hoş. Biz aramızda bir lider yetiştirişimiz ihtiyacımız var Uygur halkının ki. Hoş. Ben bu fikrimde demekçi ben hazır yani sizge kelgan telpilacak men neçe vaqt yak bu medyak hemmanlıkı tanışıp turvatı men şu birinci ketim çıkışım. Hoş. Rahmet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ama şunu yana bir ta'kidleme Uygur halkının hükümetke ihtiyacı var. Ma bizning halklarımız bu hükümetiyle yaşamagan deyken hazırki bu yorumda yazıvattan gaplarını, kılıvattan soraklarını iştişek sormaydı bizden. Bunda bir amlı halkara sorunda bunda gaplaşan hiç hacı yok. Biz hükümetsiz yaşap işek koş soğuğanlıktan hükümete atibarını bilmeyemiz. Kim bolsun bir lider lazım. Yine bu öz fikrim bütün halkımca kılgan bir bayanatım. Yani soruyorum halkımdan bir hükümetin itiraf kılışına ügünüş gerek bizim halkımız. Elbette. Sizin bunun kartasının kadar fikriniz var ben bir anlatmasam tecelli efendim. Rahmet. Allah razı olsun. Ben telefonunu takip ettim. Programdan devam qilsak bo'ladi. Men Ahmetcan Osman efendimge söz berishdan burun mishadi bir ig'iz gapni qistirib qo'yay. Qarindishimizmi, akimizmi so'rayotdi. Telefon qildigan qarindoshlar shu programmani taqib etib, uningdan keyin telefon qilsa bo'ladi. Men telefonimni ilib etgandan keyin undan so'zimizni davomlashtiraylik. Assalomu alaykum. Hoş, devam qilsangiz bo'ldi so'zingizni. Ha, men Kanadadan. İsmim Mayra Bubur. Ben bizniki şu cemaatlardan ichida Ahmetcan Osmandan so'ray bo'lmasa savolni. Albatta bo'ladi. Asosan Ahmetcandan so'rasang yaxshi. Xo'sh. Assalomu alaykum Ahmetcan. Aleyküm assalam. Qanday ahvolingiz obdan turdingizmi? Yaxshi. Ben bazı sebepler bilen ben uzun bo'ldi bu hükümetle işlerime aralashmadım. Onun sebepleri bu hükümetni mandırış için beşlik yollarının ketadiganligini his qildim. Hem yollarni minishga qancha kuchigan bilan naytijak qilganlar bo'lganligini his qildim. Mushu jihatdan o'zimning ham salomatligi bilan bir qadam chekinib turdim. Ammo abim qirindishimiz degandek bir millatning bir sürgünlü hükümetinden boğunu pek yaxşı deb qaraydiganlarning birdi. Sizden bir so'raydigan savolim, mush atrofdagilardan yaqindan yaqin anglasam sizni Yaponiyadan 500 ming otdi, ama bu pulni surat bilan tijorat qiladiganga ishlatdi deb angladim. Bu rostmi? Rost. Mushunda deyilgan gap bormi? Ha? Mushda deyilgan gap o'tirdi bormi deydi. Naytichiq o'tirdi. Hükümettikilarning ichida bu gaplar. Bu
Alo. Mavu telefon ovozi buzilib ketdi. Yani qayta olsanız Alo. bo'ladi. Qayta olsun. Qayta olsanız bo'ladi. Yoki men urishga tirishib baqay. To'g'ri yaxshi emas, chunki telefonning ovozi toza. To'xtang. Yoki mening telefonimning mayig'i chetib olishimi. Bo'ldi, Ahmadjon apandim, siz davom qiling, men yana qayta o'layman. So'zingizni davom qiling. Bu xonimning Mayra xonim savoliniki shu to'g'rimi, shu gap bormi deb. Albatta bu gap hukumatning, bizning hukumatimizning ichidagi hukumatdagilarning topgan va tarqitib yurgan gapi. Bu gap yeni bir tarafdan shu Mayra xonimning o'zi bilan munosabatli bir gap. Men Yaponiyada Men hozir anglab turyapman. Siz 1 minut saqlab turing. Men bu to'kni chetib olay, chunki to'kni oz qilib sizning ovozingiz yaxshi kelmadi. Men to'kni chetib olay hozirlar. Siz o programmani taqoting. Mayra xonim, programmani taqoting siz. Programmani taqotib bevosita gap qilavering. Bu asli Ahmadjon Osman bir tijoratni tipga buni butun Kanada Uyg'urlar mablag' silib, assoldan bo'lsa bir tijoratni boshlab chiqgan bo'lsak deb 40 odamning o'tirsig'i silib buni ko'pchilikning oldida Mayra xonim hukumatning iqtisodiy kirimini hal qilishning yo'llarining biri bilan shunday qilgan qo'y, siz bilasiz buni. Men uni demoqchi, to'xtang. Mushundaq debdiga degandan keyin hech qanday odam uningga ovoz qo'shmabdi, hech qaysi undaq bir ishni boshlash xiyoli yo'q. Endi mening o'g'lim o'z oldiga tijorat qilayotgan o'yindan yoqi o'z oldiga ish qilayotgan bola. Mushu hukumatdagi Ahmadjon Osman hem başka adamlar birleşip müştaq bir sürgün hükümetinin işhanesi açılgandan keyin benim oğlum bununla hiç qanday iqtisodiy yordam, hatta o'zing Ahmadjon Osman so'zlab o'tdi, Mishadagi parlament a'zolari, ministrlarmi a'zolik badalini to'lamagan. Ham bizmi yordam qilishchi, yordam qilib oxiri rasman ayol kishi bo'lsammi biroz hordim. Shuning bilan bo'shliqni mushundaq bir tijorat qilsak, 5%, 10% bo'lsa-mu, mush hukumatning ishlarini, ishxonaning ijozalarini to'lashga yordami bo'lamdi-ki. O'g'lim o'zing o'tirayotgan uyini setib, ash pulni mablag' qilib o'tirib salaman debdi-ki. Demak, hozir bu qarlash uchun bizning xalqimiz biroz vijdon bo'lsa deyman. Bir insonni qarlayman desa, bu qadar qarlasa, meningcha bizning rahat bo'lmadik. Bu o'g'lim o pulga bu millatning ichiga talash tortish, bu ishlarning oqmaydiganligini his qildi. His qilgandan keyin o pulni o'ymi ip bo'ldi qayta. Hajlabmi bo'ldi. Ashu Mayra xonim, ashu mushu ish uchun inimiz surat tayyorlagan ashu $500,000 pulni bularning nimasida men yaponlardan elib suratga sen tijorat qilib buning foydasini menga deb beribdiman. Anladingizmi? Bu butunlay 1000% tuhmat. Aşında degan adamlar men shohid hozirgachilik ya bir hukumatning bir ishxonasidan bir oylik nimasini to'lgani yo'q, hatto o'zining badal pulini to'lgan insonlar emas. Badal puli to'lab iqtisodiy jihatda bo'shliqni to'shqizayotganlar hech qanday gap qilmadi. Mushu ishni surgun hukumati bo'lsa-mu ishi maqsad deygilik. Ama nerede pul vermeyen, iş kılmayan, mensepke amrak, yalgancı, gumanxor, samimiyetsiz adamlardan magiyatlarını anladım. Şuna aşkına Allah razı olsun, Allah razı olsun Mayra. Ama bu şunu cemaatke, özümün halkımga, bizning millatimizning ichidagi sabasızlık, bir iş kılaytıysa aldığı kesak koyup mağdumaydıgan muş ahvallarını ibret alsın deb ben bugün demettim magiyatını. Endi Allah razı olsun. Ukam sizmi bak yaxshi intervyularni qilyapsiz. Menmi
Mushundaq haqiqatni izlaguchi bir odam agar chiqib ketmagan bo'lsam, xatimni yozdim, bu chaqqicha millionlab qitim meni qarlab bo'lgan bo'ladi. Salomatlik ahvolim yaxshi bo'lmashqa chiqatdim, tamobil turamay qalamdim deb Alloh menga yana sog'lik berdi. Men ham haqiqat tarafdori. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Rahmet. Qağınni biz programmadan davom qilaylik. Mayra xonimni men tanıyman, bilaman. Allah razı olsun. O'ziga loyiq shaklda yordam qilayotgan masalalarni biz bilib turibmiz. Ya'ni dastlabda $500,000 pulni Yaponiyadan apto bu to'g'rimi deganda sizlar yana bu statistik vosita ishlatib va to'g'ri deb javob bergandan keyin bir ochiqlim bala xalqimiz buni xato tushunib olmasin, adabiyot o'qimaganlarmi bor xalqning ichida. Ya'ni bu tuhmat to'g'ri. Bushda gaplarning tarqalganligi hukumatning ichi tarqalgani to'g'ri demoqchiman. Majoziy bir so'z chiqib qoldi bo'yicha, shu buni ochiqlataylik. Ya'ni bu yerda hatta aniq ochiqday. Mushu vaqtdan bularninki parlamentda ilgili tutgan atalmış şu kanununu kararı çıkarıp imza koyganlarınki Hızırbek Gayretullah muavin reisi ne demek? Ay benimki muavinim yani Şarkı Türkistan Sultan Hükümeti Prezidentinin muavini. Boğan Hızırbek Gayretullah uçlara İsmail Çingiz arkalık bana hatavet güçlük. Ahmetcan Muşundak yapımlıkla Ahmetcan'ga kaş yani nak $500 verip o dolarını ticaretçiye verip şunun paydasını şirketlerden kıttı diyen Adem Aşkızı'nda gayet ulaşıyor. Yani demek oğlanları Hızırbek Gayretullah ve Hızırbek Gayretullah'a işengen hükümetteki, parlamentteki kesiptaşlarım, sebdaşlarım Mayıra'nın muşu gibi yeni şinamı da oylap kovadı bende. Bunun bir gap çıqamı deb shunami. Yani İsmail Çingiz efendim birazdan oldida programmamizga kirdi. İlyar Şemşidin ba parlament reisi. İsmail Çingiz efendim mabay kirdi. Ama G'ulom Osmon efendining ismini men uchqatmadim. Herhalde bu sizlarga bir telefon qilib, bir narsani deydi desa, hozir telefon kelmagan qaraganda bu yerda sizlarning gaplar rost. Chunki biz shu bor narsani isbot qilamiz bu yerda. Yani eng cho'ng isbot mishada bu televizor hamda bu tor televiziyasi, hozirgi normal satelit televiziyaninki keyindilam turadigan bir cho'ng narsa bu. Bu yerda xalq olam oldida Yaponiya hukumatidan so'rasin, bir yigit o'g'ab oldim biz chiqib Ahmetcan Osman Yaponiya hukumatidan pul oldi degan odamdan biz maydonga chiqsin deganlarning o'zi isbot gap hamda bu. Ya açtak ilan çıkarsın da vatanında ilan çıkarsın ilan. Hükümetin namıda Şarkı Türkistan Sürgün hükümetinin yüzdekil kavaktan şu hükümetin parlamentinin namıda ilan çıkarsın Japonya'ya şu Yapon hükümeti Yapon halkı bizim hükümet insan hükümette bizim prezident aşlak etti biz aşlak oylayımız aşlak kararımız der ilan çıkarsın. Sizning telefonlaringizga to'ki bordi ha? Shu to'ki oz qolgan vaqtida shu ovoz yaxshi kelmaydi. Ovoz biroz uzlayotdi, ko'z tegayotgandek. Ya'ni Abay bir akimiz bir narsani deb telefon qilibdi ekan Istanbuldan. Bu hukumatga ehtiyojimiz bor, xalqning hukumatga ehtiyoji bor, tashkilotlar qanday bo'lsin, hukumatning o'rni bo'lolmaydi deganga bir menda bu hukumatga bu kardeşimizle tepki bırak, naite toğra, naite hakiki, siyasi ve ideolojiye cihetini tutandım, o siyasi cihetini tutandım, o bizim menfaatimiz, devlet menfaat, halkın menfaatimiz cihetini tutandım o ve halkara münasebetlerini tutandım o. Elbette Uygur halkının davayımızın hükümet ihtiyacı var. Lakin bu hükümet fakat ve fakat halkla Şarkı Türkistan muhaciretki vatanın içinde diyemeyiz. Çünkü onlar türmede, su uçuk türmede, çoğuların erkekliği yok.
ifadeleyen özünde avazını sırtlamış aydı yok. Bunda ahlakası da yeter sırtındaki muhaciretteki sürgündeki Uygurların hükümeti buludur bu. Ununsuz bu hükümet bulmaydı. Bir neçe adam teşkilat kuralaydı. Bir neçe adam cemiyet kuralaydı. Bir neçe adam palanı kurultuyu, Uygur'un hukukunu kurultuyu de kuralaydı. İkin, Şarkı Türkistan'ın hükümetini, hükümetini takat ve takat, kendi halkı sürgündeki bağlılık Şarkı Türkistanlıklar iştirak kılıp Türkistan'daydı. Olması bulmaydı. Olması kanunsuz hükümet devlet araştırma yoktu. Ben Müslüman seferberlik kılıvatıdım. Prezidenti özenle saylanlar. Hükümetinlerindeki azalarını özenle saylanlar. Ey halkım, ağzındaki Müslüman adamlarla sizlerin davayıvanı, halkara son, halkaradaki teşkilatlar ve devletler ve hükümetlerle senin hükümetinle sütüde şunda işkence bilen muamele kısım. Bulmasa teşkilat şeklinde esası bu hükümet halkara cemiyet işlenmeydi, hatta özenler işlenmeydiler. Şu an hangi hükümet o, özü sayılagan hükümet bu, özü sayılagan prezident bu da silahmış hukukun silah o hükümet mi? Elbette. Ablacan Leyli'naman efendim telefonunu ilandaydı ama bu telefon sözleşip atkanda telefon kıysanlar telefon kemmeydi. Yani hazır kayıtı telefon kıysun Ablacan Leyli'naman efendim. Men alay telefonunu çünkü 2-3 telefon bıraklı kilovatı da hazırcı. Kilip yana üzülüp gidiyordu. Hoş. Ve sizin moş telefonlar kızıp gitti herhalde. Sizin avazlarımı biraz üzülüp çıkıvatıdı. Sizin telefon kızıp gitti. Telefonun soyutuşundan bir amalını tepişimiz lazım. Şamal Durguş. Şamal Durguş'unu koysam bulamıyorum. Boldu. Şamal Durguş'unu telefon koysla özleri koymuşlar. Şamal dap kılıp yana sizni davalayımız dep jümeyli. Bu millet için hizmet kılıvatkan kişiler bizge lazım. Ben abay hakimizning sözüge bir kısturma cevap berivetsem deyme. Çünkü cevap beğenmeden dep keyin bunun soruq çıkıdığı işler oldu. Yani o fikriniz qanday dep qalganda nayt qısqa gep qilay. Dünya Uyghur Qurultayı ning yig'iniga men burun qatnashgan va keyin qatnashmagan. Qatnashmasligimdagi sabab nurg'un masalalarni ko'rdim, nurg'un xatoliklarning yuz berganligini ko'rdim va keyingi saylamga men Germaniyaga bordim. Ya'ni 7-8 yildan keyin men berib tunji saylam yig'iniga bordik, kuzatuvchi qatorida bordik va saylamda birga o'tirdik. Qatnashdim chunki siz bir minut tutib turing qapamay, mushbet tutib turing. Men sizga so'z berman. Teşkilatlar yenilenevatıdı. Teşkilatlar ıslahatga qarab meňevatıdı. Teşkilatlar özgürevatıdı. Qilgan xatoliklarni to'navatıdı deb Dünya Uyghur Qurultayını biz ikiranga chiqyapmiz. Dünya Uyghur Qurultayınınki bu yo'qolsa bo'lamdi bu Dünya Uyghur Qurultayı. Yo'qolish lazımmı? Yani yo'qolsa kimga foyda bor? Deb bu ıslah bo'lunayotgan bir teşkilatga nisbatan xatolik o'tkazsa bundan keyin jim turmaymiz. Endi hech qaysimiz u xatolik o'tkazgan yoki yana burunqi sanamga desaydigan teşkilatga bizning gapimiz bor. Mayli surgun hukumati bo'lsin. Yani xalq nomida o'zimga nisbatan gap qilay. Surgan hukumat bo'lsin, mayli kim bo'lsin, bundan burunqi teşkilatni davom qilolmaydi deb qarayman. Shuning uchun ekranda so'zlayapmiz. Buni ko'rib kishilar Ablacan efendim ben hazır sözünü sizge berme. Bulamdı. Hazır berim sizge. Şoň kişiler mail mavu sürgün hükümetini men ezelden qollamaydım. Ama yakın zamanda Ahmetcan Osman efendimning mediravatqanligi, ish qilayotganligi, xizmat qilayotganligini ko'rib, neçketim programmada dedim. Sürgün hükümeti medirawatydy, ish qilayotydy. Şoňa buni albatta ıslah bolunishiga, yaxshilarni qilishiga tilakdoshlik bo'lishimiz va qo'llashimiz kerak deyaptim. Şoň bizga sürgün hükümetimi lazım, qurultaymi lazım, yana boshqa teşkilatlarmi lazım deb qaraydigan bir tushunchada mening so'zim mishada tugaydi.
Teşkilatlarımızın cıhlığı, köplüğü, türlüklüğü bizden baylıkımız, milli baylıkımız. Bo'ladi. Ablajon Leylinaman efendim telefon qilibdi, 2-3 yerdan tangla telefon kelyapti. Bo'lsa, shu WhatsAppdan urgan bo'lsalar ablajon efendim. WhatsAppdan ursalar. Chunki ma bu nimadan Messengerdan ovoz yaxshi anglanmaydi ekan. Amerikadan telefon qilayotganlar bor, ammo tangla telefon qilib uzilib ketyapti. Xo'sh, so'zlisi bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, so'zlisi bo'ladi. Aleykümselam. Biz şu sürgün hükümetinki çetelden, Japonya'dan kulaktu diyen bizi kartta başı bayanlıyağı guvaçlarının guvalık sözlerine tanındık. Şu pul aldı diye edenler ispatını elip çıkıp yüzleş bakmışsın mı olmamış ne meydan kim? Dünyada çıkadan kıravatı biz bunu talep kılınız birincisi. İkincisi bu Japonya'ya bu Japonya'ya bir kadın bu sürgün hükümet tuzurduğunda bu halk, bu Uygur halkı, bu sürgün hükümet için başka parlamentin azaları kılgan halk demiş ki bir çavunun zaten Muşun kırdık. Tortuda bakanlıktı. Muş ne meydanda bu sorunda çıksa muşunu biz kırgen bolsak ispatın çıkanmaz yakşı oldu de. Koçkoyunda özünün işini hükümetini, özünün halkını seçmay, özü konulan, özü sayılan prezidentini ne biçim seçtik da siyasetçiler bu. Sizlar nereden urvatıl telefonni men Ablajon Leylinaman deb telefonni algandim, boshqa ovoz chiqyapti. Aralashib ketadi. Ben Kanadadan urvatıma. Tamam, rahmat. Yani bu töhmet kılıngan töhmetçilerinin ilgisi çıksın, ispat göstersin demekçisidir, şuna mı? Şunda muşu nak meydan bana küçük kurulması. Nak meydanı bir ispatını koyup baksın. O kanda bir siyasetçi Japonya nimi sebeptin? Bu sürgün hükümet nimi kılganlık için? Bu parlamenter azal devagan yüzüne bu nimi kılganlık için hükümet tutulacak Japonya. Amerika'dan dünya Uygur kontul pul elevatkanlıkını bütün Uygur biliyor. Ve onun hesabını soraydıganlar bir edemi yok. Japonya'nın pul verse eğer bir taraf pula oylayotganda hükümet Japonya hükümetiga bir taraf pul bergen bolsa bütün dünyaya jarsilib berdi o pulni. Özlerininki web saytlarida, tor betlarida e'lon qilib, jilg'imanchilik beryapmiz. Mablag'ini beryapmiz. Palani tashkilotga u bu deb. Uning ustiga bu pulni hukumatga berdi deydi bular. Lekin hukumatga berdi, sen qancha olib borsa deydi. Bu qanday gap? Hukumatga bersa, hukumatning hisobotiga bermamdi. Men deb mana berdi. Biz muş ispatlamış, nak meydanda muş uçuk söhbette ya muş programı da olsun ya ki ikinci kıtın bir program okunlaştırıp aşında bizim baş ministerler olsun ya başka ministerler olsun nişede uçuk söhbette kalıpta Noçu olsa rahmet sizge kardeşim aşkallah Allah razı olsun. Noçusu kırsın bu şeyge. Noçusu halkının aldıda meni sorak kılsın. Hozir mushu naq maydonda İlyar Şemşidin bor va nima Köreş Ataxon bor. Erkek olsa Köreş Ataxon bor. O'zini men Sharqiy Turkistonlikning taqdiriga davosiga ko'ngil bilaman deydigan inson bo'lsa, İsmail Cengiz efendim bor. Davosiga ko'ngil bo'lsa, erkek o'z kirsin, xalqning oldiga kelib meni so'roq qilsin. Yo'q, shu hozir bir qancha nafar kishi bormish Sharq Turkiston sürgün hükümetidan. İkinci soal. Xo'sh. İkincisi ben bu xalqlarning bu Sharq Turkistonliklarninki o'zining Sharq Turkiston fuqarosi deyotgan qanda bir Uyg'urda shuni talab qilamanki, Sharq Turkiston sürgünde hükümeti bu hükümet. Yani biz bunda teşkilat ve yoki mashina bir grup emas. Bu hükümet bu. Dünya Uygur kurultuyu bir teşkilat. Başkaları teşkilat, biz onları teşkilat diye bir taraf kılımız. Dünya Uygur kurultuyu olsun, biz onu dönmüşüz. Sharq Turkiston'dan çoğun hekimlik bir teşkilatı Uygur birleşimizde bir taraf kılımız. Hükümet degen bu. Bu neden gelsin, yüzeden gelsin bir devletinin, kalıklı bir hakimiyet bu. Bu hakimiyetin ki eğer küçük aralıkların dışında bu parti küçük
Şunun için Ahmetcan bu prezidentinki muş yakında içilmez muşu halkka kılgan nidasıga bütün Şarkı Türkistan'da onunki Şarkı Türkistan'da bir teşkilat sübüde emas, bir hükümet sübüde itiraf kılmış saylanı katmışlar davet kılma. Sözüm tübüde. Rahmet sizlarga Allah razı olsun. Rahmet, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ablajon Leylaman efendimmi jiq telefon qilib ketdimi shu so'zlash jarayonida, ya'ni qayta o'si bo'ladi yoki men urishga terishay. U vaqtcha so'zni sizga beray agar qaytib qo'yilgan so'z. Endi bu rahmat. Endi bu mushu harakatlarning hammasi, mushu tuhmatlarning hammasi hukumatning ishidan chiqib o'tdi deysizlar. Xo'sh. Endi mushu tuhmatlarning hammasi hukumatning ishidan chiqqandan keyin endi bu nima natija berdi deganda bu kichik balama biladi. Ya'ni Sharqiy Turkiston surgun hukumatining prezidenti ishonchsiz. Undaqkan bu hukumatmi ishonchsiz? Undaqkan bu hukumat qilman degan har qanday ishni qilolmaydi. Shundan emasmi? Natija shu. Davlatlar bilan, taraflar bilan qilman degan ishni qilolmaydi. Demak, bular mushni qilg'izmaslikmi bularning maqsadi? Endi bu kichik balama bildi dedim-ku. Shunaq. Agar vatanning, davlatning, xalqning oliy manfaatini o'ylasa, tutab turar. Men ma tuhmatni, ma gapni qilsam, buning oqibati mundaq bo'lib qolsa, yine xalqimizga, vatanimizga, davlatimizga, davoyimizga ziyon bo'ldi-ki deb og'zini yig'ishtirish kerakmi, kerak emasmi? Albatta. Yani shaxsiy manfaatini davlat manfaatining ustiga qo'ymaslik lozim yani. Millatning manfaatini ustiga qo'ymaslik. Ablajon efendim telefon qilibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qadr fikirlaringiz? Yaxshi, endi yaxshi chiqdi ovozingiz, ha. Rahmat. Bu suhbatni men sal kerak anglab qoldim, ammo to'g'ri muhim jiddiyroq kelib qolganda qilmas, shu bir ikki qiz bu Sharq Turkiston surgun hukumatining bu prezidenti Ahmadjonning men endi shu kabinetninki Sharq Turkiston surgun hukumatining tashqi ishlar ministri. Xo'sh. Uzun yillardan beri. Shuna bu vaqtda hozir xalqarada 2-3 kundan intayin cho'ng bir uqishmaslik bilan bir g'ulg'ula paydo bo'lyapti. Buni bir izohlab Ahmadjonning o'zi yolg'iz emas. Men shu qarorning yanida birlikda turayotgan kishi bo'lish sifatim bilan men bir jamoatga, ko'pchilikka, xalqqa bir tushuncha bersam deganni to'g'ri tepib sizning vaqtingizni elayotgan fikrman. Agar mumkin bo'lsa. Albatta. So'z sizda. Xo'sh. Sharqiy Turkiston surgun hukumati dastlab qurilgan chog'da men Amerikada qonun maktabini texi endi bitirib turgan vaqtimda. Shuning bilan biz bu Sharqiy Turkiston surgun hukumatining qurilishi garchi xalqimiz uzun yillardan beri eng tashna bo'lgan, eng cho'ng orzu qilgan, Xitoy eng jiddiy holatda shunday bir tashkiliy qurilmaning mevcut bo'lishdan ensirayotgan bir sharoitda qurilgan bo'lg'achqa buni bizning bir qarindishimiz Yusuf buni butkul dunyodagi hamma xalqning ovozini olara butun xalqni aralashtirib naydi dag'dug'uluq bir go'zal shaklda qurilgan bir hukumatni qandaqdir biz dastlabda biz yo'q qurilgan chog'da undan keyin men a'zo kirdim. Lekin biz shu xalqning kutgan yerdan chiqqadak bir umumiy ovoz bilan buni quramay qoldik. Ammo buning bilan buni hammaning ovozi bilan qurmagandan keyin buni tashlab o'taylik demidikki, ammo buning qurilishi garchi mujmal, bak isil, tayyorlik bilan astoydil bir prinsiplarga asosan tuzilmagan bo'lsa-mu, ammo Sharq Turkiston xalqining eng go'zal g'oyasi Xitoyning eng cho'ng qo'rqinchisi bo'lgan Sharqiy Turkiston surgun hukumati degan bu hukumatning mavjud bo'lib turishi biz uchun intayin muhim deb qarab, biz buningki yetersizliklarni tuzitib, qonunlarni to'liqlab, men buning dastlabki qonuniy asosiy qonunini tuzishga men qatnashdim. Shu Ahmadjon efendim tilg'algan Xizirbek efendim, men Dimeynkam qatorliq bir 5 guruh. 5 guruhi bo'lib, biz Sharq Turkiston surgun hukumatining asosiy qonunini tuzib chiqdik. Shu 5 guruhning asosiy qonuni
o'zgartirib chiqdik biroq. Xo'sh, bo'lsa biroz hozirgi markazlar nihoyat yaxshi bo'ldi. 3-4 adam to'xtamay telefon qilyapti-da bu. Okey, bundan hozirgi markazlashtirsam, demakchi o'g'lim, endi biz necha vaqtimizda Sharq Turkiston surgunda hukumatiningki mushu ojizliklari, yetersizligini deb turib, xalqimizning garchi nihoyat yiqimdan qo'llag'isi bo'lsa-mu, ammo buni to'rtadan qurib olgan hukumat, Anvar Yusuf 5-6 dan birlashib qurib olgan hukumat, deyish orqali bu hukumatning yuz obro'yiga, buningki izzat hurmatiga intayin cho'ng daxldor yetib keldi ham kelyapti. Biz mushu bo'shliqni to'ldirish uchun biz hozirgi ilgirki mavjud bo'lgan parlamentni biz asos qonun bo'yicha ish ilib borolmadik deb necha qitim tanqidladik. Lekin ular buning pisand qilmadi. Asos qonunimizning 17-moddasida cho'qim bu parlamentning a'zolari 60 dan kam bo'lmaslik kerak deb belgilangan. Ammo biz butun dunyoning hammasini unchalik odam olib kelamidik. Demakchi o'g'limiz bu qitim biz qandaqdir hukumatchilik bir qism odamlarga o'shmanlik qilib emas, aksincha bu hukumatni bo'libmi Xitoyning bugungidek intayin ashaddiy bir rezil holda millatimizga shunday shiddatli hujum qilayotgan mushta bir vaqtida biz butkul dunyodagi qarindoshlarimizni birlashtirib, hammamizning himoyasiga erishadigan, hammamiz tanqidlaydigan mushta bir kuchli qurolni hammamizning himoya qilishga topshiraylik deb hozirgi mavjud bu harakat ettirmayotgan parlamentning vaqtincha xizmatini to'xtatib, butkul dunyo ovoz qo'shgan yangi bir parlamentni xalq orqali saylab chiqishga topshirdi. Menimcha bu intayin go'zal va intayin izchil. Albatta. Emas. Buni qo'yishim prezidentimizni qo'llab-quvvatlasin. Aksincha islom parlament qaror chiqarib, Ahmadjon Osmonning vazifasini elga to'xtab e'lon soldi. Ammo bu kuchli emas, demak o'g'lim, chunki parlament undan bir kun burun taqdirlangan. Bu vazifasidan taqdirlangan, vazifasidan qoldirilgan bir parlamentning yangi bir qaror chiqarib prezidentni e'tiroz huquqi bo'lmaydi. Biz mening Ahmadjonning demayman, xalq mantirab tutilsa, Ahmadjonning bu qilayotgan bu qatimki parlamentni tarqitishi, hukumatni parchalash buzish emas, aksincha uni butkul dunyo tang himoya qiladigan, hammadan cheksiz hurmatlaydigan, hammasi mening deb o'zimning deb turib ishlaydigan bir narsaga aylantirib, agar saylan bo'lsa, bizmi vazifamizni topshirib yoshlarga o'tkazib bizmi tayyor. Bizmi buni tutib quchoqlab yetib yetish qilmay yetishni biz uchun nomus. Hozir har qanday bir Sharq Turkistonlikning o'rnidan dast turib turgan bo'lsa, menib, mangan bo'lsa yugurib, bir minut uchun to'maydigan xalqimizni hozirgi mushu eng qiyin mushu vaqtlarda biz intayin cho'ng bir birlikni, ittifoqlikni birga keltirib, bu vazifani amalga oshiraylik deyapmiz. Ammo Yaponiya shunday bir go'zal fikrni, shunday bir esil bir g'oyani o'ttirg'i qo'yib, hatto yaponliklar bizga nima dedi? O'z vaqtida Go'mintan bilan Go'nchantada Xitoy bilan urushayotgan chog'ida bizga qarshi turish uchun birlashganda, sizlarning bu harakatlar bek undan bo'ldi deb ishqirni ichmasa, biz ularning oldida yuzimizni yerga urdik. Hech qanday tashkilot bizning qishimizga bormadi. Endi Ahmadjon ular shunga o'xshaydigan bir narsani chiqarib, kelinglar desa, ma'qul men boray deb kamtarlik qilsa, bu uning xatoligi bo'lib, uni vazifasidan olmoqchi bo'lyapmiz. Menimcha bu siyosat bundan ma'maslik kerak. Ben şu Sharq Turkiston surgunda hukumatning tashqi ishlar ministri bo'lish sifati bilan men Ahmadjon bilan bu fikrni burunmi billa, hozirmi billa, bundan keyinmi billa. Men mushunchalik bir tushuncha berib qo'yay. Bu ishlar nima bo'lib ketdi deb qayib qolgan qarindoshlarimizga deb bu telefonni aytishim efendim. Rahmat. Allah razı olsun. Rahmet ablacığım. Rahmet sizga. Allah razı olsun. Qarindoshlarimiz yamanjiq telefon qilyapti-da. Shu so'zlab bo'lgandan keyin ursa, undan keyin o'lindi telefon. Telefon bir bo'lganligi uchun qo'limda, shunga boshqalarnikini hozircha ololmayman. Ahmadjon afandim, so'zni sizga beray. Telefon nimqacha oraliqda. Siz davom qilasizlar. Yoki men savolimni davom qilayman. Endi ablacığım bugün taraflarını eskertip o'tdi. Men bu hozirgacha siz bilan bo'lib o'tgan suhbatda asos masalalarning hammani eskertish kerak bo'lgan, xalqimiz bilish kerak bo'lgan, xalqimizni nazorat qo'yish kerak bo'lgan masalalarni men o'tirib qo'ydim deb o'ylayman. Lekin endi albatta shuni xalqimiz qayta o'ylanishi, shuni xalqimiz bilishi kerakki, bu hukumat xalqimizning hukumati.
Şarkı Türkistan halkının hükümeti. Şuna bu şu hükümetini bu şunda bir uçumlarının yaman niyetlik, garazliklerinin bizge okşaş. Ben üzerine şunu içine koyayım. Koludun elbinanla. Özanla kayıtıdın bu hükümetini fonksiyelik, zamanevi, başka devletinin hükümetlerden kılışmıgıdek derecede bu hükümetini barlık keltirip özanlarının davasını halkarada seviyelik, ünümlük dalda et verişinlağa ben her zaman tilektaşmen, her zaman öz gücümü hessemini koşumen, bunun için cinim fida. Allah razı olsun. İlyar Şemşidin efendim telefon kuttu. Sözünü anlap bakalım. Esselamu Aleyküm. İlyar efendim söz kıysanız buldu. Boz programın takip etten. Şu telefondan bir vasıta söz kıysanız buldu. Avazınız kemmedi ama. İlyar efendim. Avazınız kemmedi. Qayta bir urib beqing yoki men qayta ulab baqay. Endi keldi ovozingiz so'zlasangiz bo'ldi. Burada ben hem de fikriniz yapıp koyayım. Bizimki asas kanunumuzda Cumhur Reisi, Başminister yoki parlamento başkanının parlamentoni ag'dirib o'tish huquqi yo'q. Unda da yozilmagan. Parlamento eng ustidagi o'rin. Parlamento Ahmadjonni o'z vaqtida rais qilib saylagan. 30 necha milletvekili bilan saylagan. Hozirmi shunchalik milletvekilimiz mavjud. Parlamento xizmat qilmaydi deydi. Abdullajon parlamentodan ma xizmat qilaydi deb bir taklifni bergani yo'q hozirgacha. Ammo o'zining tashqi ishlar ministerlik vazifasini o'tganda o'ttirib qo'ydi. Ahmadjon bilan parlamentoning orasida telefon aloqaligini o'zining tashqi ishlar ministrligi vazifam deb biladiga. Ashunda qildi, men unda emas, sening tashqi ishlar vazifang, tashqi ishlar deb javob berdim. Hem de asas kanunda parlamentonun reisini ag'dirib o'tish huquqi bor yo'q. Sizning ovozlar uzilib kelyapti-da, ba'zan so'zlar aniq emas, men eslatib qo'yay, ya. Telefonni bo'lsa yaxshi tutsa yaxshi. Telefon ko'p qilgan tashlab olgan o'xshaydi. Endi o'z vaqtida Anvar ishni bosh ministerlikdan parlamento tarafidan bizniki 7 oliy kengash ag'dirib o'tgan. Undan keyin bu Xitoyga borgandan keyin butunlay hukumatdan chiqarilgan. Endi qonuniy jihatdan bunday narsa bor. Butun davlatlarning asosiy qonunlari unda qilib bo'lmaydi. Bo'ldi. Qolgan qonunlar yani davomli Kongressninki qabuli bilan ko'paytirildi. Endi bu yerda bosh ministerlik huquqidan Anvar 2006-yilda ilib o'tgan. Unda olganki bu bir qonun hisoblanadi. Biz shu qonunga asosan parlament vakillarining ichidan Ahmadjon Osmonning tashkilsizlik munosabati bilan bizga taklif berdi. Men buni ovoz qo'ydim. Ve Ahmadjonga aytdim. Qo'shilmay qo'shilmayman deb ovoz berdim. Abdullajonga aytdim, Muqaddasga aytdim. Butun bizningki 40 tak millat vakilimizga aytdim. Muqaddasdan Abdullajon ikisi qarshi chiqdi, qolganlar qabul qildi. Bu tamamen qonunlik şekilde hükümetten bu Ahmadjonning vazifasini deb tashlagan bo'ldik bu munosabatda. Ama Ahmadjonning parlamentini deb tashlashi bu bir kulgulik ish. Qonuniy jihatda har qanday bir qonunshunosdan oldiga berib so'rab ketdinglar. Belki diktatör devletlerde bo'lganda bunday ishlar. Lekin normalda bir
saylan bilen ekeldik. Ama bizdeki iptaşlaş hukukumuz var. Ahmetcan'ın parlamentini iptaşlaş hukuku yok. Kim bilen meslet işitti? Kim sorattı? Hükümetçi birer meslet işitti mi? Kim bilen meslet işitti? Kızım yetişkilik Ali Kemeşli'ninki kararını attı mı? Teşkilsizlik kıldı. Yani bana bir sual var. Tokyo'da seni 30 neçeden saylattı. Hazır saylamak Özgürtegen'den içinde bir adam seni kullanmaydı. Seninki rehberlik kılış kabiliyetin yok. Bu günkü şiiri yazgandek bu. Devamlı bunda bayanatlarını veriversem bunu kötemeyiz. Emini mesletlen kılıyorduk. Bunda bo'lganda masalan sizlar saqlab yoki saylamdan burun saylam o'tkazish bu yo'lni tanlasanglar bo'lmamdi masalan. Saylamdan burun saylam bu yerda Ahmetcan'ın yüz itibarı bilen biz bu yerda Facebook'a müracaat silish niyetimiz yoktu. Özden koluga meçtuk. Tuygun bana telefon kılıp dedi. Hani hükümetli sertleştirmenler cemaattan aldı da dedi mi biz o milletvekillerden kararını alma vaktida biz bu kararını özden koluga eğlendik de buyurgattık. Bunu kılmanlar diyorduk. Hayat jölüp kokanda kalı parlamentin aldırmak diyen kararı yürüttü. Şununla bizim bu Facebook'a para bayanatımızı verişler öz mecbur kıldı. Dedi ki mesela bu her kanunda ben Türkiye'deki Nurgan Kanuncu'na tahillerim var. Dedi ki eğer size Enver İşitni öz vaxtda şu kararını aldırırken bu sanlar 2015'teki yığında o kararını bir katılığın bu sanlar bu karar kuşkiye edeydi. Ama hazır Ahmetcan parlamentini yoktu tuttu. Hem de milletin toplar bir hükümet kursa bu hükümet bu kararını iptal kılmasa Ahmetcan her zaman parlamentini dikkat kılıç hukukunu otomatik hukukluğun buldu. Bu diktatör devletleri buldu. Bizden sürgünde hükümet demokratik asaslarga kurulgan bir hükümet. Ahmetcan kurulgan vaxtida bulmagandaki nurg'un narsalardan xabarsiz. Ben bunu deyip rahmat sizlarga. Rahmat sizga ko'p rahmat. Abay naq men dedim bular o'zligidan tashkillanib parlament ya'ni o'zi bir prezident saylab chiqib sizni e'tirof qilmizchi degan buning o'xshagan bir savolni so'ragandim Ahmadjon apandim sizdan. Bo'ladi sizning so'zingiz tugagan bo'lsa men biroz yana bosh so'zingiz bo'lsa birozdan keyin qaytuvsangiz bo'ldi. İlyas Şemşidin apandim. Men bir telefon rahmat unda bo'lsa sizning so'zingizni anglagan bo'ldik. Qag'in Ahmadjon apandimdan anglaylamsa. Bo'ladi ma'qulmiz. Ma qarindoshlar deb qo'ysak, men so'zlayotganda telefon qilsanglar bu bir telefonda ikki odam so'zlashga bo'lmaydi. Ahmadjon apandim sizning so'zingizni anglaylik bo'lamiz. Yoki ma telefonni milivtamdiq. Yamanjiq o'di. Assalomu alaykum, so'zlisingiz bo'ldi. Ha, so'zlisingiz bo'ldi. Siz bu programmani taqib o'ting. Programmani taqib o'tib, oraliqida 15-20 sekund vaqt bor. Endi so'zlisingiz bo'ldi. Programma bilan aralashtirsangiz bo'lmaydi buni chunki. Ha, so'zlang. So'zlang, ovozingiz yaxshi so'zlang. Assalomu alaykum. Siz Va alaykum assalom. Programmangizni taqib o'ting. Programmani taqib o'ting. Xo'sh, ovozni yana bir qitimdan anglayolmay qoldim. Ha, mening ismim Yamlibika. Siz tajalli qarindishimizda. Albatta, naq maydon quryapsiz telefonni. Bu ham atgan gapni ishxonada bo'lib qolganligim uchun men bu nimaga qatnashamay qoldim. Bu to'xtatuvlarga. Xo'sh. Ahmadjon Osman atgan gapni ne chiqadim? Allah'ın ismini Abdurrahman qasam qilib turgan aytibdi. Buni biz buni birinchi yolg'on. Men buni bu gapni deb qo'yayman. Ahmadjon Osman sizlarga dediki, men parlamentda topildi xabarini bergandan keyin surgunda hukumat meni raisdan asosladi dedi. Bu gap yolg'on. Hozirgacha bu bizningki buningga bizning isbotimiz bor. Chunki Eliyar akam bu
Ya a gapni degan bo'lsa-mu, ammo u to'g'riliq qasam ichkinni men bilmayman. Ammo shunda dedi boshda, ammo u to'g'risi qasam ichmadi. Buni eskartib qo'yay. Ha. Sözünüzden keyin davom qiling chunki. Yani ya o'ttirib qo'ysangiz bo'ladi, ammo yolg'on aytmang, ayliqma bevosita ta'did gaplarni demang, o'ttirib qo'ysangiz bo'ladi fikringizni. Ya masalan prezident o'zi xohlab yig'in tashkillash huquqi yo'qmi bu surgun hukumatninki? Sözünüz tugudimi? Rahmat sizga. Ahmetcan telefonunu mediyette bak gaj kılıp ettiler Ahmetcan Osman efendim. Telefonunu cayık aslan. Boladı hem de Ahmetcan'ınki özüden anlap bakılı. Özüden anlap bakılı. Eğer nimkesi yani siz telefon kıysanız boladı. Bolamda. Rahmet sizge mi? Ahmetcan Osman efendim ay telefonunuzun birle tutukla bir avaz payda kılıp koydunuz. Az simleri tegişip ketler aldı. Şunu bir oңşap koysanız. Hazır avaz var mı? Avazınız hem de oңşaldı. Bosu telefonga köp nem kılmışsınız. Ma telefon kılıp atqanlı biraz sabır kıysanlar. Çünkü Ahmetcan efendim sözlep olsun. Hoş. Ben avaz biraz yaxşı kelmey bana. Abay mağluqi Wi-Fi'nin nimesi
üzülüp gelip mening telefonumning datasiga kelib to'g'riga ishlab qilib biroz yaxshimi anglamay qoldim. Uning ustiga degan gaplarning nima demoqchi, nima so'ramoqchi bo'lganligini fazla tushunib ketolmadim. Bas gapni desam. Ma telefon qilgan qarindishim bir minut saqlab turing. Men sizga yana yolg'on so'z qilyapti-da. Aha. Qaysi yolg'on keldi? Yana o yig'inga chaqasam kelmadi deb shu yig'inni nim qilganda sizlar bir yig'inga chaqirib kelganlar aldi 7 kishilikka heyetni. Yig'inga unda ish yo'q. Yani jiq so'z bo'ldi, ham bizmi charchadik. Shunga bu savolni yana bir o'z telefon qilib so'z bo'ldiga o'xshaydi. Ya'ni asosan shu yolg'on gap qildi degan gap chiqyapti endi o savolni. Nima yolg'on kenda? Nima yolg'on? Qaysi gap yolg'on bo'pti masalan? Yani Yaponiyaga yig'inga borganda bu maslahat silinmadi, o'zi qaror berdi deydi. Masalan, Yaponiyada yig'in tashkillashni bizga hech qanday maslahat silinmadi. O'zi bilgan shaklda. Maslahat silinmadi emas, maslahat silindi, lekin men qarorni yig'in masalasini o'zim qarorni olib bo'lib, andan keyin maslahat soldim bularga. Bularning deydigani nima deb sen qarorni ololmaysa, biz bilan maslahat silib, biz bilan ma'qul bo'lgandan keyin andan keyin bu yig'inning nimasini qarorni ola olaysa deydi. Lekin ba'zida men o'zim qarorni olaman. Prezidentlik suhbat bilan. Albatta. Men dal shuni so'radim abay, bir prezident o'zi mustaqil yig'in tashkillayman desam tashkillayalaydi, ammo uning ustiga yodingizda bo'lsa, nima Tecelli efendi bu yig'inninki chaqiriqi dastlabki chaqiriqi qanday shaklda chiqdi? Men Sharqiy Turkiston surgun hukumati prezidenti Salah Sukutin bilan bunday tashkilotning liderlarini chaqiraman degan chaqiriq shundaqmi? Shunaqa. Bu hukumatning nomida chaqirilgan emas, men prezidentlik salohiyatim bilan chaqirgan ham har bir tashkilotning raislarini chaqirgan. Yani prezident huquqingizni ishlatdingiz shu yerda. Albatta. Men uni qarorni olib qo'ygandan keyin bularga maslahat soldim. Hammasiga soldim maslahatni. Biladi bular. Endi maslahat solish emas-ku u. Bu qaror mushtaq bo'ldi, mushtaq yig'inga chaqirdim deb xabarlantirish. Bo'ladi. Buni bu xonim efendim qayda bir telefon qilsin agar ammo yolg'onchi u bu degan so'zlarni ishlatmasdan yig'ibla mamma ish manda bo'ldi, ish to'g'ri, ish xato deb bundaq desin birozdan keyin. Chunki gap bakji qolib, menmi unutdim, charchadim, 3,5 soat bo'ldi programma qilayotganlar ekran qarab turib. Ma telefon qilgan qarindishimizning so'zini anglag'ich turayli, vaqtcha agar xohlasa yana telefon qilib, ammo qisqa, bu da unda jiq vaqt berilmaydi. Qisqa qaytadan o'tirib qo'ysa bo'ladi. Ko'rarmanlarning vaqtini jiq olib qo'ydik, charchitib qo'ydik. Shundoq. Ammo nim qilayli, davom qilayli, yana 20 minut vaqtimiz bor. Chunki Facebook shirkatidan avtomatik uchidi bu birozdan keyin. Mening bilishimcha 4 soat. Ma telefonda qarindishim so'zlasangiz bo'ldi. Ammo qisqaroq. Assalomu alaykum, Sayın Dejanli efendi, Ahmetcan Osman efendi. Men yana telefon qildim. Abdulaziz Qaraxonga. Boya telefon qilgan parlamentdagi ikki qarindishimizning ovozi bek yuqori chiqib ketgan. Bu to'liq so'zlash albatta bir suçluluk psikolojisi bu adam ashta qarab to'liq so'zlaydi. Endi bu 35 milyon, 40 milyon, ben şulardan so'rab baksam, 40 milyonluk mushu nupusluk mushu Sharq Turkiston xalqininki taqdiri mushu 7 parlament a'zosi tashkillanib qolgan, yig'in chaqirib qolganmi? Bizning taqdirimiz. Mushuni bir javob bergan bo'lsa, bular nima ish qildi? Bugungacha surgunda hukumatga qilayotgan xizmatlar bular nima ish qildi? O'zlari kim o? Biz tanımaymiz bularni. Ovozni hozir anglayapmiz meyada. Bular o'zlarining xizmat qilgan xizmatlardan bizga bir dokument bersin. Xalqqa bir dokument bersin. Andan keyin bu yerga chiqib xalqning oldida andaq xato gaplar bilan emas, to'g'ri, samimiy iqirlik bilan tushundirsin bularni. Xuddi Ahmetcan Osman efendi hamma narsaga shundoq tamkinlik bilan joy-joyda yetkazib, tekizib javobini beradi. Shuna o'xshash javob bersin. O suçluluk psikolojisi bor odam shundoq vaqirab so'zlaydi. Buni xalqimizga yana bir qaytib deb qo'yishni umid qilaman. Rahmat. Rahmat, sizga ko'p rahmat. Men shaxsan bu yerda hozircha bir muxbir degan suhbat bilan, ya'ni shu qarindishimiz yana bir qayta ursa,
meningki bo'ynimdagi vazifa ado bo'lgan bo'ldi deyman. Chunki Ahmadjon apandimga men nimani so'ratdi bu hemşirimiz deganga men javob berolmadim. Chunki men charchabdim. Demak sizmi tushunmabsiz-da, masalan, menga o'xshash. Men haqiqatan tutib ololmadim, nima demoqchi bo'lganini. Qanday nima javob berganligimni. Men tushungandim, ammo unutib qoldim, tuyuqsiz unutib qoldim. Qayta o'si bo'ladi inshaalloh. Qayta o'si bo'ladi. Ya'ni ko'rurmanlar xato tushunib bu yoki surgun hukumatga chapo yeyotgandek yoki so'zlarni qayta nim qilmayotgandek ta'sir berib qolmaganlik uchun men telefon qo'limda bor. Shu telefon qilgan qarindishim Amerikadan yoki Kanadadan uribdi. Qayta o'sin o'ttirga yana ovozni anglasa bo'ldi butun dunyo. So'zlasangiz bo'ldi qarindishim. Assalomu alaykum. Uzak ketdi so'zlar qonun kirib ketdi, ma'lumotlar. İlari apandim telefon qildi, men shu ham bir telefon qilishni link ko'rdim, ikkinchi qatim qilyapman. Birinchi yo'l hozir qilganimiz Ahmadjon apandimki vazifasi to'shqan qadar bu o'zaro kelishib o'tirib kechirim so'rashib davom qilish kerak. Ya parlament uni vazifasini eplamaydi, yoki Ahmadjon Osmon qonun bo'yicha parlament taqdir etolmaydi. Ya vaqt to'shmay turib, saylanib kelmay turib. Bu sizning qarishingiz ya'ni. Sizning o'z ichida agar ikkinchi yo'l o'z ichida bunu kechirim qilib yo'lni davom qilolmay qolsa, bu xalqqa murojaat qilgan bo'ldi. Bu parlament a'zolarini Ahmadjon apandim taqdir etgan bo'ldi. Parlament Ahmadjon apandim taqdir etgan bo'ldi. Bundan biz saylanib ketdi bu qonun bo'yicha. Biz saylanadigan xalq Ahmadjon apandimning degani to'g'ri. Xalqqa murojaat bu parlamentni cho'kdi, hukumat prezidentni cho'kdi, biz qayta saylanib ketamiz. Albatta, endi butun dunyoninki ishlari tartibi shunday ma'lum asli. Bizmi shu dunyodagi hukumatlarning parlamentlarning biri tursak. To'g'ri, rahmat. Bunun yolu muşunda. Çünkü bu hükümet işlemeydiğine alıp kelip kalgan çağda prezident mi, parlament işlemeydiğine alıp kelip kalgan kayıt saylamı gidiyor. İlyar efendim şu parlamentninki başlığı iken onun da mesela muavir reisi. Yani abay dedi biz özümüz saylam kılıp şu nem kılımız prezident saylap çıkımız depti bu bir nihayet xatarlik bir gap aslında. Ama sizin deginingizde hazır eğer onu saylam kısmı halkka içilgan ve 60 tane parlament a'zosi yetken holatda bir saylam qilmasa xalqqa e'tirof qilmaydi bu. Shaxsan men e'tirof qildim. 60 saylam emas, hatto Ahmadjon apanning vazifasi to'shqisa hech nima qila olmaydi. To'shqandan keyin saylamga ketib o'chaqchim saylanib chiqadi. Ya balkim saylamni oldida saylam qilish huquqim bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ahmadjon Osmon apandi nima deydiki bu gapga? Yo'q, o'chaqda ixtilof. Yo'q, bo'ldi bu parlament tarqaldi. Men prezident Ben devletinin reisi, Şarkı Türkistan devletinin sürgündeki reisi, Şarkı Türkistan devletinin sürgündeki işkilanmagan parlamentini ben takip ettim. Şuna bu parlament kayıt şekillenişini ben halkı tapşırdım. Şarkı Türkistan halkıga, sürgündeki Şarkı Türkistan halkı bu parlamenti saylap çıkıdı. Anadaki bu parlament hükümetini, prezidentini, başministerini hemen saylap çıkıdı. Bana şu kanunluk bulundu. Ahmadjon apandimning hozir degani to'g'ri. Bular hozir ishida o'zaro anglashamaganlar, bir-birini kechirim qilmaganlar, yo'liq davom qilolmaganlar. Shunga bular parlamentning vayron bo'ldi, prezident shu vayron bo'ldi, yanadan saylanib ketdi. Aşağı burunqi hukumatning parlament a'zolari kirdi, hammasi kirdi buning huquqi. Albatta, hammasi kirdi. Ashlar bizmi kirmiz? Hammamiz parlament a'zo shaklida kirmiz. Bu parlament a'zolari saylam tashkillab abay İlyar apandim dedi. Siz mushu nima milletvekili süptida qalsang bo'ladi, parlament a'zosi süptida Ahmadjon Osmon apandimni va kirsang bo'ladi dedi. Bunga nima deb qaraysiz? Mesela ular tashkillab qolsa qanday qilasiz? Bak siz de prezident o'rnidagi sayısı var. Toplam bu qanchadanning qonunni qanchasi qo'l qo'ysa buni. Ya hozir ikkili taraf o'xshash gapni qilyapti hozir-chu, ikkili taraf. Ya bular aniq emaski. Onun qanchadanning keligini topdi, qanchadanning gap qilganim qalam buyda qalam qolib o'tirgan gapga bo'ylayapti. Şunga itiraf qilinmaydi. U bir. Ma'qul itiraf qilindi degan taqdirdimi? O'limi saylam o'tkazib, prezident saylaymiz dedi abay, ochiq dedi-chu buni. Ama bunun qanday qaraysiz Ahmadjon Osmon apandi? Ben bu kanunsuzluk. Birinchidan Şarkı Türkistan sürgün hükümetininki prezidenti tarqitib etgan parlament qayta o'zi saylab
reislerini saylap, hükümetini saylap çıkılanmaydı. Bu kanunsuz oldu. İkinciden 60 en az olanda 60 parlament azası bombagan parlament hiç kandak bir hükümetini saylap çıkanmaydı. Yani şuna halk üzülüş gerek. Yenilam halkımızga. Çünkü o 60 parlament bu saylam ne? Parlament azasını halk saylap çıkıdı. Bu saylamni kim teşkilleydi? Şuna saylam gruppisi şekillendiriş gerek. Bitirep saylam gruppisi. Yani bunu siz mi teşkillemeysiz bunu yani? Ya, ben teşkileşaktan bulmaydı. Ben degen burunqi hükümetinin azası sütüde bu bitirep saylam gruppisiga kirsem bulmaydı komitetiga. Yani siz saylam boğuçı prezident, onundan keyin avtomatik prezidentlikten kalasız. Elbette. Çünkü ben tutup duruşum gerek. Ben bir devletin reis sütüde. Ben tutup duruşum gerek. Şu parlament şekillengen günden başlap lan mening reisligim tugaydi, yeni bir reis sayılıp çıkdı. Undaqda bu saylam ne? Saylam gruppisi qiladi. Elbette. Yani men ama en ahir deydigan gepim hozir bu saylam bilan bir Ahmetjon efendimning murojaatnomasidan qayt saylamga ketilsa, Seyit Tunturk efendimning hurmatiga teşkilatligimiz xalq, buni biz qarorimiz Uyg'urlar. Buni biz yo'l qo'ymaymiz. Saylam bo'lib, parlament saylanib chiqib bo'lgandan keyin, hukumat chiqqandan keyin Dolqin Isa efendimiz dunyo Uyg'urlik kelib, parlamentlar qanday ishlaymiz, qanday bunun bir formulani to'g'rini bulib chiqish kerak. Sizning ismingiz kim o? Siz qayerda yashaysiz? Yani siz xili to'liq gap qilyapsiz, biz yo'l qo'ymaymiz deb. Sizni tonisak bo'lamdi? Men Ankarada yashayman, mening ismim Qo'pochon. Qo'pochon aka. Unda bo'lsa, bu Seyit Tunturk efendim qurmoqchi bo'lgan tashkilot bu bir tashkilot bo'chu, mustaqillik harakati degan tashkilot. Nima uchun yo'l qo'ymaysiz? Yani buningda bir masala nima yani? Bu zaten kurulgan Şarkı Türkistan hükümeti bu teşkilat zaten. Bunun maqsadi mustaqillik. İki teşkilat olmaydı. Partiler hiç qanaydan partilanmaydi. Yo'q, ma birisi hükümet hamda ma Ahmetjon Osman efendimninki sürgün hükümeti. O teşkilat ham Dünya Uyg'ur qurultayiga o'xshaydigan bir teşkilat qurilmoqchi yaqinda. Şunu buningda bir chigish bir narsani ko'rib, shuni ben betaraf shaklda so'rab qo'ydim, chunki biz yo'l qo'ymaymiz emas, men yo'l qo'ymayman desangiz to'g'ri bo'ldi mencha. Yani men yo'l qo'ymasam, chunki biz degandan keyin menmi kirkitma, Ahmetjon Osman efendimni kirkitdi, butun xalqimiz kirkitdi-ku. Shunga xatarlik gap, shuni men buni ochiqlab qo'yay dedim. Xo'sh. Bu Seyit Tunturk efendimning hurmatligini Ankara'da ya Türkiye'de ya bir yerde hurmatligi emas. Yani dünyada karakterli bir teşkilat. Yani yüzden rayetli konusu buludu. Ama parlament kurulup, hükümet kurulgandan keyin bunda dünyada karakterlik bir narsa qurishga biz yo'l qo'ymaslik. Zaten hükümet Ahmetjon Osmanni yaxshi biladi. Bunu zaten hükümet yaxshi uçadı, parlament yaxshi hal qildi bu narsani. Bu sizning shaxsiy fikringiz, shunami? Tamam, rahmat. Boshqa gapingiz bormi? Tugidimi? Rahmat. Allah razı olsun, rahmat. Ahmetjon efendim, charchadingizmi? Yo'q, chaqishmadim. Yo'q, yaxshi suhbatlar bo'lyapti, yaxshi masalalar muzokara qilinyapti. Endi qanday bo'lmasin, prezident deganni xalq saylaydi-ku, xalq saylaydi. Shunga prezidentni biz saylaymiz, o'zimiz saylab olamiz degan gap bo'lmaydi. Xalq saylaydi. Xalq saylash uchun prezidentni shu xalq saylagan parlament barliq kelish kerak. To'g'ri. Bu yerda Abay qarindishimizningki savolni unutib qolganligimga biroz xijil bo'lib, shuni qayta olsun dedim, ammo hozirgacha qayta olmadi. Endi mendan ketdi. Yaxshi yo'q. Men so'rayman, men yaxshi anglayolmay qolib, men qilib qoldim. Bo'lmasa Abay degandek ovozlar ashuna bo'lib qolgandan keyin men degandek yaxshi anglayolmay tushunaman. Bu programmani qaytadan ko'rib, undan keyin Abay bir narsani nim qildim. O'yladim, agar shu parlament a'zolaridan bir qancha kishini, ya'ni G'ulom Osmon efendini ikkironga akasak, men burun taklif qilib nim qilsam chiqqili unamagan. Ammo bu da ma'qul deb chiqsa, ya'ni siz mishada bo'lamsiz ikkironda. Albatta. Chunki bu ish har zaman tayyor, har zaman tayyor. Bu ish chinga yetibdi, masala chinga yetibdi. Bu hukumatni qurayli inshaallohki. Qurmasak bo'lmaydi. Yani albatta. Ama yani bu hükümet
Bu hükümet, bağ hükümet koy, lekin hazır bu parlament tarqaldı. Lekin bu kayıt parlament ve kayıt hükümetler şekillenip çıkış gerek. Elbette bulmasa bundak şekilde boz bulmaydı. Elbette çünkü halkның qabaydi, men o sözge baq etilme, halkningki ihtiyacı var bir hükümetke. Elbette. Elbette. Ve aleyküm esselam sözlüsünüz buldu. Biz bir konuşuyoruz. Ben bir şükürlük meselede hazır hem de sorun. Siz şu nemini etibitten o programın etibitip sözden arılışı var pardı. Programı itiklik. Sözden Program itiklik. Ama avaz kilovatı değil. Selamünaleyküm. Sözden. Aleyküm esselam. Birinci türlük soğanıp Ahmet Efendi'ye bir ayal bir töhmet gep sözünü kıldı. Ola uçuk delil takipli siz bir gep söz kıldı. Bu bir. İkinci Ahmet Efendi'ni hukuktan aldık dedi. Neymiş için kaysi günahıga, neymi kılganga bunu aladı, bunu bir uçuk sıflatbesi bu karlık Allah. Hükümetine neymiş için tarikçılı bu hükümet bu 6-7'den ne mu? Bu hükümetini biz kuranmayı şunda kıyınlamazsak bu 6'dan kilişeme, arlıkta kilişemeydiğen ne mi var? Onu bir uçuk olsun. Sözünüz tügüdü mü? Yok sözüm tügümет de. Devam kılın. Yeninizdeki telefonun avazını bir boşrak kıysun. Tamam. Tamam. Şunu olan bu bizdeki ihtiyacımız bolgan bizim hakimiyetimizni parlaştırmak lazım bir neticede. Bizde bir tanıştığın çok bir biçimi yok. Yapıldım, pul aldı, manda kıldı. Yani bir teşkilat falan yerden pul aldı. Uyguruna dediğin gibi bu pul disi 10 koy ve yer yok. Emmisi pulunu gibi takıp pisne kılıyordu bir yerde. Bu işlere yol vermişsiniz siz. Bundaki mukasa delilin olan uçukla ikram kıçı, siz uçuklu değilsiniz. Ben size kurduğum telefon bu. Rahmet buludu. Bunda pislik yapılan adam diye ama ikramda siz yol vermemez. Hem de mandakçı bu yer sözlevatkan kişi hakaret kılmasa, ilmi şekilde söz kıysa biz bunu vermez. Yani ben bu yerde çünkü karşı taraf Ahmetça Osman'a karşı çıkan bir muhalif bir kişi olsa karşı alımız ve hata gap kılmasa bunu beğenmesek bir yerde ben sürgün hükümetinin adımı ya ki bir taraf adamga ayrılıp kalama. Ben bu hem bazı fikir... Ama demek çoğunun onda o sözlerine diye yapılmaz. Pisini çıkmaksa bunu özünün hanıska ya ki bütün delili bile sözsün. Hazır bizde onda pisini gel. Mesela sizin değişime hareket dediniz. Bir sözünü düşünemedim dediniz. Sizin ama uçuk vaktimizle bizden uçuk vaktimizle çıkım kılma vaktimiz yok. Biz hazır bir denizge çıkıp ketken ya hundan da ot küp hundanğa bir ot küp taşıp etken edemge okşayımız hazır. Bunun için biz onunla kurtuluşumuz gerek. Biz birliğimizle bozulmasımız gerek. Ben bunun için etçinime Uygur halkı kaçan gıçılık o birbirini taklap yutudu. Kaçan gıçılık birbirimizden kelişmeyimiz. Bizim kılıdığın işimiz ne mi? Bunu bilip meydana çıkışımız gerek. Biz hazır Kur'an-ı Kerim'de eğitilen kafirler cehennem azan kürep otuk taşlangandan keyin dünyadaki hemmenimizin biri bunun tutulmakka intilidi degende biz hazır Xitay kafirlerden, komünistlerden kurtuluş deyimizge bekcik ihtiyacımız var. Cenimizde orta koyaş, iqtisadımızda orta koyaş, aklımızda orta koyaş. Aklı bilen, kuchu bilen, iqtisat bilen, okugan alimlerimiz bilim bilen, Rahmet. Allah razı olsun. Rahmet. Allah razı olsun. Onun için bu medyaya çıkıp kaldım. Yürgün patlap gitti. Biz küçük balık okşay iğnet aytıgan bolup kaldık. 60 yaşlıydı. Küçük ballarımız, nevrimiz neymiş ki yığılaysı deydi. Bu halkımızdan nadal. Bizge kısa zamanda birlik gerek. Hemimizge ne mi olsa tüçürüşümüz gerek birbirimizden. Benim fikrim bu. Rahmet. Allah razı olsun. Ahmet Efendi'ye bir şeyden onkoy pulladığını yapın kulasa. Nim pulladınız dedi. Ağzımı buza etsem olmaydı. Ben beğenmedim onkoy pul. Ya siz beğendiniz onkoy pul. Ya okudum beğenmedi. Ya bu da birisi beğenmedi. Hak diyeceğim olsa milletin hakkını diyeceğim olsa kim ise Allah balasını yurdu dünya ahirette. Valla rahmet ağzınızdan buzman inşallah. Amin. Oğra. Milletin hakkı bilen boş çıkan adamı dünya
Osman kakayımız ahirettim Allah'a insan durdu. Bölsek biz alımız insan. Bu gepimge siz. Ya elbette. Ya elbette. Yani Ahmetcan Osman Efendi bir yerde saylan bilen oturup çıkan bir kişi yani. Bir yerde bir kanunsuz. Evet. Bir işi yok. Bir yerde kilipli karılap ya ki töhmet kılıp ketiş hukukum yok. Eğer bütün işi... Ama bir yerde söz beğenmesek de bulmaydı şu hem bu işin keyini acayip tespih işken bu tespih işi kirip kaptım ben çıkıp ya buna çıkışınız gerek. Ama bu atka mingendeki yeri olur dedemdeki. Bu yeri de oturuşunuz gerek. Sokuldaydı, cugurdu, çapıda hem çıkışınız gerek. Nasıl? Bunda çıdanlık olmasa bu işte kılamayız. Ma Kasım'ı paylamaya kaldı hazır yığır olup. Kası paylamaya kaldı. Ya tekrar çıkır yerden kuşluk inşallah. Kasıcam oturup. Bu iki kattık basımı yaş çıkıyor. Ama gitmemiz bir muhabbet ötep gitti. Bizim hükümetine ihtiyacımız var. Birlikte ihtiyacımız var. Bu azapta tutmuşka ihtiyacımız var. Birbirimizle tutmuşka ihtiyacımız yok. Uygur halkı bütün dünya Allah'la bu fikirle. Allah aşkına Allah'ını söylesem, vatanımı söylesem. Allah razı olsun. Yani bu... Onda kıllığı bir eden motoru çıkardığını beşik uğruyor ama. Eğer şu olsan kodun talak oldu, kodun şu olsan bizim bulursa, ben sana da onda kırışma bir içmek var. Ne olsan bu? Beni keçire alıp görürüm ha? Allah razı olsun, rahmet özürge. Bu programını kılıştım burun ben oylandım ve abay degендek yeni bir bet içivatımız. Şun hemmisi uçuk olsun, bizni aldı mı son aldaydı kallı dep ma işine oturup içivatımız. Kandığının gibi olsun uçuk işkiranğı kilingla, telefon kılingla. Haqdanlanda aqıda bazada pitni basat gapni qilmanglar deb bu programmani qilyapmiz. Maqsadimiz shu pitnini tugutish bu yerda. Xo'sh, Ahmetcan efendim söz sizga qolsin. Rahmat. Endi bu qarindishimizning, Alisudin qarindishimizning bu gaplarining jiq taraflari to'g'ri. Hammamiz yaxshi fikrlarni beryapmiz. Endi qanday bo'lmasin biz ayrım şekilde bek aciz. Her bir teşkilat öz ayrım turganda bek aciz. Dünya Uyghur Kurultayı bek aciz ayrım vaktida, hükümet mi aciz ayrım vaktida, Mağrib cemiyeti mi aciz ayrım vaktida ve başkalar. Lekin bizning kuchimiz biz bir yerga kelalaganda kuchli bo'lamiz. Lekin bu bir yerga kelish qandaqdir? Bir tashkilot yeni bir tashkilotdan ichiga kiritish emas. Bu yerdagi hamkorlik, taqsimot, ish taqsimoti, nishonni birlik qilib turib, mustaqilligimizni nishon qilib turib, her tashkilot o'zining aloyiligi va xarakteriga asosan ishini qilaversa, bir-birini to'ldirsa, bir-birini hamkorligi bilan moslashsa, mushundaq mangan vaqtida biz haqiqatan kuchlanib, Xitoyga taqobil qila olamiz, qarshilik ko'rsatamiz, hatto vatanimizni ozod qila olamiz. Endi bundaq kuchlanmasak, har birimiz ayrim o'zimiz bilan yursak, hatto hukumatmi bir necha parlament a'zosi bilan biz hukumat u bu deb yursak, menimcha biz shu ojiz tutib ketamiz. Bu Xitoyning manfaati uchun bak yaxshi. Bizning ojizligimiz. Xitoymi har qanday bir mustamlikchi, tajovuzchi qochilab boshqaradi. Yani vaktimiz toşay dedi. Yani 5 minutdan keyin taqamasak bo'lmaydi inşallah. Süley qilish yani kelishish ehtimoliniz bormi? Parlament a'zolari. Kim bilan? Yani taqib etdingiz ama yani taqib etgan bo'lsingizmi? Yani şu shaxslar bilan, şu kishilar bilan kelishib, mesela siz saylam ko'rib qo'yib qo'ydingiz bu vazifani, bu ishni. Albatta. Hozir bir taqilib ketgan bir sürgün hükümeti var ortada. Yani, ve fakat prezidentli var, qolganlar yo'q ham sizning gapingiz bo'yicha. Ularning gapi bo'yicha prezidentsiz bir parlament var ortada. Biz süley qilish, yani süley qilish demayli, kelishish ehtimoli bormi? Men tarafdan bor. Birlashish bilan. Bu bo'lsa-mu? Keng ko'lamlik xalq sarparvarligidagi parlamentga yuzlanamiz. Agar ularni yuzlansa, okey, chatoq yo'q. Yani şunun siz kelishsiz yani ular bilan. Albatta. G'ulom efendim, İsmail Chingiz efendim va boshqalar bilan. Albatta. Lekin mush shart bilan. Ya'ni Assalomu alaykum.
Va alaykumussalom. Xo'sh, Ahmadjon efendim. Ha, bevosita anglatish ovozingiz bor, so'zlasangiz bo'ldi. Bo'lib o'tadi. Ahmadjon efendimdan bir qancha savol so'raydigan. Ammo qisqa bo'lish kerak, vaqtimiz 4 minut qoldi. Bo'ldi. Hozir mushu parlament a'zolarini qaytadan xalq saylash kerak deydi. Biz buni qaysi uslubda saylaymiz? Har bir davlat yashayotgan, chet elda har yerda yashayotgan Uyg'urlar o'zi bir millat vakilini o'ttiga chiqaramdi yo'qsa qanday qilamiz buni? Buni bir yo'lin qanday? Buni bir so'raydigan edim. Xo'sh, yana bir savolingiz? Yani bir so'radim, buni so'rasak, buni bir tashkillik bir yerga bir yana o'xshash bir mazmun. Yani buni zaten men bilmoqchi bo'lganim bu xalq saylaymiz degan parlament a'zolaridan bu xalq. Yani asosiy savolingiz bumi? Asosiy savolim bu. Asosiy savolim. Tugidimi? Tugdi. Tamam, rahmat sizga. Mana vaqtimiz bek oz qoldi, chunki avtomatik taqiladi. Mana Facebook'ninki jalli naq maydon yayini. So'zni sizga bir Ahmadjon. Men bu shunday krizis bor, bu shunday halqiliq paytda men muhaciratda, sürgünde bir betaraf bo'lgan saylam komiteti tashkil qilaman. Tashkil qilishga tirishaman, lekin men o'zim bo'lmayman buningda, chunki men bir hozir hukumatning hozir prezident, shunga bo'lmayman. Mushu saylam komiteti, betaraf saylam komiteti lekin her bir davlatlardagi Sharqi Turkistonliklarninki ahvoliga qarab turib, soni qarab turib, shulardan adamdan keyin parlament a'zolariga ko'rsatdi 10 adam masalan. Bu shakllarni shu saylam komiteti buni yozma shaklda o'tirg'i chiqarasiz. Shuna men abay so'rayman dedim, ammo bu albatta noyat sistemalar yozma shaklda bo'ladi. Ikkinchi bir masala. Buni kim programma qilishga bo'lamdi? Programma qila olamdik buni. Yo'q, albatta chatoq yo'q. Men har vaqt tayyor. Undan hozir biz inshaalloh o'z ichimizda deyishaylik, 2 minut vaqtimiz qoldi. Ya'ni parlament a'zolari bilan bir araga kelsizlar. Kelib, agar bir kelishib qolsak, taq ajib emas. Agar kelishamaydigan ish bo'lib qolib qolsa, uning qarta bizningki studiyamiz har zaman programma qilishga tayyor va qandaq tashkilotning xizmatini va shaxslarning xizmatini qilishga tayyor inshaalloh. Alloh razı olsun. Rahmat. Ya'ni saylamning qanday bo'lganligi to'g'risida shu vaqt tafsiliy o'tirib bahs. Bo'ldi. Rahmat. Xo'sh, sizningki bosh so'zlar bo'lsa olay. Hammanglarga salom. Sizlarga ko'p rahmat. Haqiqatni xalqimizga yetkazishga tirishdilar. Buning uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin. Allah hammangizdan rozi bo'lsin aziz qarindoshlar. Programmamiz hozir hamda oyoqlashishi lozim. Inshaalloh kelgusi zamonlarda Ahmadjon Osmon apandim bo'lsin, G'ulom Yag'mo apandim bo'lsin va yoki mayli İlyar Shamshiddin apandim bo'lsin. Ya'ni biz ishlab o'tibdi ular. Ishlayotganlik uchun ba'zan gapni deyolmagan bo'lishi mumkin. Agar deyolmaganlar yana ekran ochiq desa bo'ladi. Hech kimning so'zini qismaymiz. Haqiqatni o'tirib qo'yishdan qismaymiz. Agar Ahmadjon Osmon apandim xato qilayotgan bo'lsa, isbot ko'rsatilsa, xatoligini o'tirib qo'ya olsa, uni kelishkili bo'ladi. Ya bo'yni qiladi, ya inkor qiladi bu shaklda. Ammo bir ishni tuzashga tirishimiz, fitna qilmay, shunday ochiq oshkor maydonda qandaq gap so'z bo'lib qolsa, inshaalloh biz buning xizmatini qilishga tirishimiz. Shun xato tushunishlar bo'lmasin. Bizni Alloh ustimizda, menmo dey, Alloh ustimizda Uyg'ur qarindoshlik studiyasi har qanday tashkilotga bog'liq emas. Biz ayrim mustaqil bir organ, mustaqil bir media, qonunliq bir media tashkiloti yoki vaqfi desak bo'ladi. Ya'ni hech qanday bir odamga yon bosgan bir avval yo'q, yoki surgun hukumatiga yon bosgan, yo qurultoyga yon bosgan. Faqatla o'ngshash, tuzash, haqiqatni yonib turish, haqiqatni o'tirg'i chiqarish va haqsizlarni yo'q qilib, haqdorlarni o'tirg'i chiqarish, haqsiz tashkilotlarni yo'q qilib, haqdorlarni o'tirg'i chiqarishni maqsad qiladi. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Agar qetib qo'ydigan 15 sekundlik so'zlar bo'lmasa, men programmani hozirlab taqayman. Ahmadjon efendim. Allah razı olsun. Rahmet. Köpçülerge köp rahmet, köptün köp rahmet. Allah razı olsun. Sizlerinin vaktinlerini koyduk. Bizni keşirinler. Lekin ben Şarkı Türkistan sürgün hükümetini, bizning kıvatka işlerimizni sizler bilen ortaklaşay, mesletlaşay deb bu programmani hazırladım ve tecelli efendim bilen billah. Muşu sohbette buldum. Bu Allah razı olsun. Ortaklaşış için. Sizlerge yan bir qitim görüşün.